Assalamu alaykum hürmetli televizor körgüçüler. Haftalık muhim haberler programımızga hoş geldinler. Ben programa riyasetçisi Reyhan Tecelli. Tövende diqtinlar haftalık muhim haberlerimizde bolsun. Uyghur agentligining xabariga qaraganda Ali Baba Turkiyaga 1 milliard dollar mablag' salmoqchi bo'lgan. Turkiyaga birlashish chaqiriqi sunib kelayotgan Xitoy Turkiyaga 1 milliard dollar mablag' selishga tayyorlanyotdi. Amerika Turkiyaga qarta planlagan iqtisodiy krizisining o'ttirisida mablag' salg'uvchilarga savdo fursati chaqiriqi sungan Turkiyaning arzusi amalga oshyapti. Tunigun Qatardan kelgan 15 milliard dollarlik mablag'ning keynidan bugun Xitoy mablag' salg'uvchilarimi ko'zni Turkiyaga tikdi. Ali Baba'nın Türkiye şöbesi kurulmakçı bulup, ötken yılı yazda Ali Baba tarafidan setvilingan tren yol şirketi resmi halda Ali Baba'nın qo'yniga o'tdi. Bulupmu Amerika Qo'shma Shtatlar bilan surkishishning orqasidan Turkiya hukumati Xitoylar bilan yiqilishish signali berayotgan paytlarda Xitoyning eng cho'ng mablag' salg'uvchisi hisoblanayotgan Ali Baba'ning Turkiyada sho'ba qurmoqchi bo'lishi hammalarning diqqatini qo'zg'amoqda. Tren yo'l shirkati setilib bir oydan keyinla Ali Baba shirkati Turkiya sho'basiga 1 milliard dollarlik mablag' ajratadiganligini jakarladi. Yaqinki kunlarda Turkiyaga oyoq bosgan Ali Baba shirkat boshliqlarining Istanbulni markaz qilgan shirkat barpo qilishga tayyorlik qilayotganligi, ya'ni isklat va shirkat uchun yer setvilishga tutish qilayotganligi bildirilmoqda. Uyg'ur Türkleri masalasi Türkiye Meclisi'de o'ttirg'i qo'yildi. Değerli arkadaşlar, şimdi şahıslar adına Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Buyurun Sayın Gergerlioğlu. Türkiye parlamentida Uyghur Türklerinin Xitay hükümeti tarafidan lagerlarga yig'ilinib, qiyin qisdoq elinganligi masalasi kun tartibga elib kelindi. HDP'nin Kocaeli milletvekili ve kişilik hukuk qarab chiqish hay'atining a'zosi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu BDT irqiy ayrimchilikni bekor qilish hay'atining dokladidagi Xitoyning Uyg'ur turklarinin lagerlarga so'lab qiyin qisdoq elayotganligini naql keltirib, Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'dan yuqorqi savolni so'radi. Uyg'urlar haqidagi bergan doklad va mazmun to'g'ri bo'lsa, bu haqda Xitoyga nota berish Turkiya hukumatining kun tartibida bormi? BDT irqiy ayirmachilikni bekor qilish hay'atining dokladiga asoslanganda Sharqiy Turkiston g'oyat zo'r nazorat lageriga aylantirilgan. Dokladda Xitoy asos qonunida bo'lginchilik va terrorizm aniqlamalarining mujmal ekanligi bayon qilingan bo'lib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni hech bir asossiz tutish va sudsiz kesib o'tish qatorliq qilmishini to'xtatishni talab qilgan. BDT Xitoyning ma'lum din va millatni nishon qilgan qilmishlari haqida mustaqil bir tekshirish olib berishni o'ttirib qo'ygan. Bu masalani parlamentga akirgan Gergerlioğlu kim mazlum bo'lsa, uning yordam berish, kim zolim bo'lsa, uning qarshi chiqish kerakligini aytib, bu masalani o'zining yaqindan buyon kuzatib kelayotganligini va Tashqi ishlar ministrligidan bu haqda javob kutadiganligini so'zladi. Gergerlioğlu savol so'rash jarayonida BDT'ning 1 millionga yaqin Uyg'ur turklarini terrorizmga qarshi turish bahonasi bilan Xitoy tarafidan majburiy tutib turilayotganligi haqidagi xabarlarning kishini bekmi andishlantirilgan voqea ekanligini o'ttirib qo'ygan dokladni eskartib turib, u tutilib turilgan kishilarning qo'yib berilishi kerakligini talab qildi va Mavlud Çavuşoğlu'dan tövendikidek savollarni so'radi. Xitoyning 1 millionga yaqin Uyg'ur turkini lagerda tutib turayotganligi to'g'rimi? Agar bu xabar to'g'ri bo'lsa, Uyg'ur turklarining u yerda tutilishining sababi nima? Bu lagerlardagi kishilarning qiyin qistoq elinganligi va och qo'yilganligi rostmi? Bu haqda Turkiyaning Bejingda turishliq bosh elchi va konsullardan bir narsa so'raldimi? Agar ulardan bu to'g'riliq uchur egallangan bo'lsa, bu uchurlar nemishqa hozirgacha xalqqa oshkorlanmaydi? BDT'ning dokladidagi bayonlar to'g'ri bo'lsa, bu haqda Xitoy hukumatiga nota berish Turkiya hukumatining kun tartibida bormi? Yaqinqi 10 yil ichida Turkiyada siyosiy faoliyat olib borgan Uyg'ur turklaridan qancha kishi Xitoy qaytarib berildi? Uyg'ur agentligi xabari. Xitoy to'rining xabariga qaraganda Sharqiy Turkistondagi xizmatchilar "Men Jungo Kommunistik partiyasining a'zosi. Men islom diniga e'tiqod qilmayman. Mening e'tiqodim kommunizm" degandek so'zlar bilan ideologiyada ifoda bildirishga majbur qilinmoqda. Hammamizga ma'lumki, kommunizm ideyasi faqatla bir siyosiy nishon bo'lib, u hargizmi shaxsning e'tiqodidan o'rin ololmaydi.
Ama Xitoy kommunistlarining Sharqiy Turkistondagi hozirgi ig'ir siyosiy bisimi kishilarni o'z e'tiqodidan voz kechishga qistamoqda. İnsanlarning e'tiqod erkinligi butun dunyo miqyosida o'rtaq e'tirof qilinayotgan bugungi kunda yuz berayotgan Xitoy kommunistlarining bu zo'ravonlik ig'ir jinoyat qilmishi bo'lib, ularning bu ideologiyadagi singib kirish, g'ayri qarashliklarni zo'rlik bilan bostirish qilmishlari kun sayin ulg'aymoqda. Bu o'z navbatida Uyg'urlarga emas, Tayvan, Shangang, Tibet va cho'ng quruqlikdagi barliq kishilarga, hattoki butkul dunyoga ofat ilib kelmoqda. Amerika ovozi to'rining xabariga qaraganda, olma telefonining to'r do'konidagi bir yumshoq detalining telefon ishlatgichlarning materialini Xitoyga yetkazadiganligi oshkorlanib, to'r do'kondan chiqarib etilgan. Olma telefoni to'r do'konidagi telefon ishlatgichlarning qizg'in olqishga erishgan haq to'lab ishlatilgan qo'llanishchan yumshoq detal bo'lib, bu app telefon ishlatgichlarning ma'qulligidan o'tmayla ishlatgichlarning ishlatish xotirasini Xitoydagi mulozimat to'riga yetkazib berdi ekan. Üçüncü taraf tor bexatarlik xodimlari bu bexatarlik yo'chiqini bayqagandan keyin bu Adivir doktor nomliq yumshoq detalni olma tor do'kondan chiqarib etgan. Navbatda bu yumshoq detalni ishlab chiqaruvchining orqa ko'rinishi noma'lum. Amerika Tayvan bilan diplomatik munosabatni uzgan 3 davlatdan elchilarni qaytarib keldi. Amerika Meclisi Cuma günü Dominika, Salvador ve Panama'daki en yuqori darajadagi elchilarni qaytarib keldiganligini, yaqinda qaror qilgan Tayvanni qayta e'tirof qilmaslik qarorini kengash qildiganligini e'lon qildi. Bu davlatlar Tayvan bilan diplomatik munosabatni uzgandan keyin Tayvanning navbatdagi munosabatni saqlab qolgan davlatlar 17 qoldi. Buning bilan Tayvanning xalqarodagi o'rni va faoliyat doirasi texmo kichikladi. Amerika ovozi xabari. Öz xabarimiz. Xalmurat Uyg'ur faoliyatlarini jonliq davom qilmoqda. Assalomu alaykum qarindoshlar, men Finlandiyadan Xalmurat. Biz Finlandiyadan boshlangan bir erkinlik karvonini boshlab bormoqchi. Bu karvon Finlandiyadan yo'lga chiqdi 9-oyning 20-kuni. Shvetsiyaga boramiz. Shvetsiyadan Osloga, Oslodan Berlinga, Berlindan Amsterdamga, Amsterdamdan Parijga, Parijdan eng oxiri 10-oyning 1-kuni Brusselga yetib boradi. Her qaysi davlatdagi borganda shu davlatlarda shu davlatdagi qarindoshlar namoyish o'rlashtirdi. Shu namoyishlarga sizlarning Bugungi jiddiy vaziyatda Uyg'ur yoshlarining birligi kelib, bundaq bir faoliyatni vujudga chiqarishning ahamiyati zo'r bo'lib, buni ko'rib yetgan Xitoy hokimiyati bu faoliyatni to'xtatish uchun har xil razil vositalarni qo'llanishdan tap tortmagan. 9-sentabr kuni Xalmurat Uyg'urning mashinasi noma'lum kishilar tomonidan hujumga uchragan bo'lib, hozir mashinaning bexatar qo'llanishga bo'ladigan yoki emasligi mexaniklar tomonidan jiddiy tekshirilyapti. Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi hay'ati 10-sentabr Gollandiyaga yetib kelib, Gollandiyadagi Yevropa Sharqiy Turkiston ma'arif jamiyati rahbarlari va Uyg'ur jamoatlari bilan uchrashdi. Mazkur uchrashuvda Ulamolar birligi raisi doktor Ataullah Shayyar taklif bilan so'z qilib, Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi nima uchun ta'sis qilindi degan mavzuda Ulamolar birligini tunishtirdi va Ulamolar birligining nima sababdan qurilganligi, mazkur tashkilotni qurishga sabab bo'lgan asosli omillarning nima ekanligi to'g'risida tafsiliy to'xtaldi. Turkiya Idlib chegarasiga alohida qismlarni avatdi. 1-sentabr Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Bashar Asad hokimiyatining Idlibga harbiy harakat qo'zg'ashga boshlaganligi va bu haqda harbiy hozirlikni kuchaytirayotganligi to'g'riliq xabar tarqalgandan keyin Turkiya armiyasi Idlib chegarasiga alohida qismlar, to'pchilar armiyasi va o'q-dorilarni avatishga boshlagan. Yana bir tarafdan Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu İstanbulda Suriya muzokara oliy komitetining boshlig'i Nasir al-Hariri va uning hamrohligidagi hay'atni qabul qildi. Taxminan 1,5 soat davomlashgan uchrashishda Idlib va Suriyadagi o'zgarishlar hamda siyosiy va rayonlik o'zgarishlar muzokara qilindi. Istiqlol to'g'ri. Öz xabarimiz. Germaniya davlatlik birinchi qonuniy kashlik programmasida lagerlarni tunishtirdi va vatandagi ahvol to'g'riliq 4,5 minut nahiti atrofli xabarlandirdi.
Germaniya davlatlik birinchi qanli vatandagi lagerni yushirin singa ilib 2 soat burun 2 minut 6 sekundlik xabar berdi. Ba'zi Germaniya do'lqinlari bugungi yangi xabarda Sharqiy Turkistonning ishg'ol qilinganligini e'tirof qildi. Systematisch Muslime eingesperrt werden sollen zur Umerziehung. Ein Passant sagt uns, hier werde studiert, Zwangsstudium Kommunismus. Auf dem Satellitenbild sieht die Anlage so aus. 8 Häuserblocks und ein Sportplatz. Denk partiyasining boshlig'i Tuna Xunquzu Uyg'urlarning hozirgi ahvolini Gollandiya parlamentida anglatdi. Voorzitter van de commissie Yani onderzoek ularning Xitoy integratiebeleid. hukumati tarafidan Ik bostirilishga citeer, uchrab, de integratie van veel allochtonen is geheel va of siyosiy gedeeltelijk tarbiya geslaagd. kamplarga Dat is een keng ko'lamli prestatie van formaat, qo'llanganligini qisqacha wat niet komt door tushuntirib, het bu haqda integratiebeleid van de Gollandiya overheid, parlamentining maar bir door ish de inspanningen qilishini, van bu to'g'risida nieuwkomers bir en de parlament ontvangende muzokarasi samenleving. ilib Einde berishni citaat. talab qildi. Mooi, Bir dacht qancha ik toen. partiyaning Een boshliqlari agar bu visionaire blik op to'g'risida ularga integratie, die sunilgan man biror was zijn tafsiliy tijd xat ver bo'lsa, vooruit. ondan jiddiy Had ze daar maar qo'llaydiganligini meer bildirdi. van in politiek Den Haag. En ik weet nog Hürmetlik goed rahbarlar, dat ik tijdens butkul Gollandiya xalqining haq-huquqlari dafsanda qilinib, qo'llanishini va siyosiy tarbiya lagerlariga keng ko'lamli so'linishini tasavvur qila olamizlar, deb gap boshlagan Tuna Xunquzu, bu bizda bo'lgani yo'q, ammo kishilik huquqni kuzat qilish tashkilotining dokladiga asoslanganda Jungodagi Uyg'ur millati bu ahvolga duch kelmoqda. Men tashqi ishlar ministrining bu haqda bilan Gollandiya hukumatining bu haqda bir tadbir qo'llanishi uchun bir suhbat ilib berishni talab qilaman dedi. en heeft zijn hele ambtenarenapparaat. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, haftalik muhim xabarlar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Yoqtirib ko'rganinglarga rahmat. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'linglar.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhtaram qarindoshlar, bugungi yangi programmamizga kelganlarni qarshi olamiz. Bugun davomli yangilik yaratish uchun Uyg'ur qarindoshlik studiyasi haftalik muhim xabarlar programmasini yo'l qo'ygan bo'ldi. Inshaalloh bundan keyingi zamonda har haftada bir qitimdan muhim xabarlarni xalqimizga sunish bilan birga va u xabarlar ustida davomli izlenimiz, muloyiza qilamiz va doktorlarimiz, ustozlarimiz bilan birlikda bu xabarlarni tafakkur qilib munozara olib boramiz aziz qarindoshlar. Bugun ham bizningki ustozlarimizdan, doktorlarimizdan Erkin Akram apandini bu programmaga taklif qilgan bo'ldik. Yana xabar va mulohiza programmasiga bugun yuqorida o'tirib qo'yilgan xabarlar to'g'risida doktor Erkin Akram apandim bilan biz mulohiza olib boramiz. Assalomu alaykum doktor Erkin Akram apandim. Ikramimizga xush keldingiz. Alhamdulillah. Aldıraşçılıqda bir qancha programmani keyinga sürgan bo'ldik. Bugun yana bu programmada qarindoshlar bilan ikram yuzda ko'rishdik. Hemen bu bugun o'tirib qo'yilgan xabarlar to'g'risida muhokamaga kirib kelsak ko'proq sizlarningki ko'z qarashlarini anglasam deyman. Bunga kirishdan burun muhim bir masalani sizlarning og'izlaridan anglab beqishni o'ylayman. Masalan, hozir butun dunyo miqyosida Sharqiy Turkiston xalqi, ya'ni muhojirlari bo'libmi, buning ichida yoshlarning nihoyatda jiddiy bir harakat qilishi bilan imzo to'plash faoliyati olib berilyotdi. Bununla nisbeten Dünya Uyghur Kurultayı'nın muavir reis bulaş süpetleri bilen ve bir stratejiye mütehassıs bulaş süpetleri bilen ve bu siyasi faaliyette aldığın Katar'da ketavatkan bir şahs bulaş süpetleri bilen bu imza toplaş meselesinde sizin göz kararlarını anlap bakay. Ondan kim biz haberler doğrusunda mülayize kirkesek buldu. Merhamet. İmza toplaş üyüze ve yaxşı bir iş. Ama qanda qilish maqsad nima? Bular yama muhim narsa. Çünkü imza toplash vaqtida bunu kim o'rlashtirgan, kim tashkil qilgan o muhim. Çünkü onunla qarab haqida ishinib yoki ishonmay turib onunla imza qo'ydi. Onundaki maqsad ochiq bo'lish lozim. Yani nima maqsad bilan qilayotganligi. Onundan bu imzani toplab nega yollash va qanday bir natijaga erishish, bular hammasi muhim. Shunga yaqin shu bir yilning ichida xil odamlarga hammasi imzo toplash degan faoliyatlarni qilib boqdi. Ba'zilari yaxshi toplay oldi imzoni, ba'zilari yaxshi toplay olmadi misolga. Shunga bu imzo toplashda maqsad, uslub, niyat, mushlar hammasi ochiq bo'lsa, o texmi unumli bo'ladi deb o'ylayman. Hazırki muş imza toplavatkan avval qanday qaraylar? Aslında muşunda çoğun teşkilatlar muş imza toplashini qilgan bo'lsa bo'lib ekan. Bilinmagan ba'zi misolga ham Uyg'urlar va ham Uyg'urni bilib ketamaydi. Bilmagandan ba'zilari bu kimdi, bu qanday odamdi, undan keyin orasi kirib odamlar bor. Muşda bir imza toplavatimiz, sizlar muşunda bir qo'l qo'ysanglar, imza qilsanglar deb. Bu devatgan odamni haqli tanımaydı, bilmeydi. Tabii ben her qanday imza toplashga hammasini qo'llaymiz. Yani ben şahsen mi qo'llayman? Çünkü bu bir chet elda qiladigan bir faoliyatning biri. Çünkü chet eldagi faoliyat xalqaro jamoat fikrini tashkil qilish. O fikir bilan ondan keyin shu nimada matbuotlarda yoki siyosiy partilarda, kongrede, hamma yerda bir ta'sir yaratsa, o vaqtida ondan keyin Xitoyga bo'lgan bir bisimi bo'ladi. Shuning bu muhim bir bir uslub, ya'ni da'voninki uslubi. Ama men degandek kim qilyotidi, nima qilmoqchi, nega yo'llamoqchi va qanday bir natija olmoqchi. Bularni ochiq yozilgan taqdirda. Onun keyin uzun yozishni hojati yo'q. Necha bet yozilgan ahvollarmi bor. Ularni o'qib o'quvchi xalqlar zerikadigan ahvol bo'ladi. Chunki ko'pincha odamlar buni uyda rahat o'tirib qilmaydi. Shu yo'lda ketib berib,
maktab ketib berib, ishqa ketib berib yoki bir yerga ketib borgan vaqtida qo'lidagi telefon bilan qiladi. Shunga uzun bo'lib ketsa yana bu yaxshi bo'lmaydi deb o'ylayman. Ya'ni bunun önümünü kögül bulamdı. Yani biz hazır bütün chet eldeki muhacirlar umumyüzlük mesela videoluk guvallık beriş hareketining bir qancha qarindoshlarimiz boshladi. Buningdan natijalarga erishyapti. Abdurahmon Hasan qatorliq va uningdan boshqa bir qism fidokorlar o'tirg'i chiqdi. Mesela Finlandiyadagi qarindoshimiz Xalmurat, Abdirimjon Gollandiyada, İstanbul'da ve Amerika'da, nurgun yerlerde muşunda qarindoshlar o'tirg'i chiqyapti. Buning albatta sizlardek mutaxassislarning fikrini ilib qilyapti deb o'ylayman. Ular masalan sizlardan bir fikri ilib qilamdi, bir telefon qilib, masalan, hozir sizlarning ma so'zlar mening diqqatimni chekdi. Ya'ni bu imzo to'pladim deblam kim qilyapti? Hem buning maqsadi nima masalasi bu bek muhim ekan. Buning bundan diqqat qilishimiz lozim ekan. Chunki xato maqsadlarga kirib ketmaslik uchun. O qarindoshlarimiz masalan bu jihatda bir cho'nglardan ya'ni tajriba ilish uchun bir aql so'rayotgan avvallar bormi? So'rayotganimni, so'rmayotganimni bilmayman, ama menden so'rganlar yo'q. Belki başkalarından sorgan bo'lsa mümkün deb o'ylayman. Ama bu faaliyet muhim bir faaliyet. Çünkü bu vermek nayte muhim bir delil bu. Çünkü şu garip devletlerde nima desang da, qanchalik chiroylilik gapni desang da, ama delil bo'lmasa ular ishonmaydi. Çünkü bu metodga tushmaydi, uslubga tushmaydi. Bu jihatdan deganda shunda o'zi chiqib, o'zininki shu dardlarini anlatgan şekilde nurgun adamlarına tesir yetkizələydi. Bolsa bunu bir yerden bir tutaş eğerde kıldığan bolsa teximi yaxşı buludu deb oylayman. Yani bunu bu ballarına hemsini teşkillemek lazım. Elbette. Bu cihette Dünya Uygur Kurultayı bir tüzelleş, teşkilleş nemisi var mı bunun? Kurultayının ki mesulları var bu işe qaraydigan. Misalga macirin işler qaraydigan Mehmet Oktu var. Onun için bu siyasi faaliyetlerge teşkil meselesiga qaraydigan muavin reis Berat Yurunqash var. Meningki buni bu to'g'risida chang to'xtalib olgan yerim hozir xuddi bir natija chiqadigandek ko'rinyapti. Alhamdulillah inshaalloh buning cho'qim natija chiqadi deb o'ylayman. İnşallah. Şu qayerga berish muhim bo'yicha. Misalga Birleşken Devletler'e qaysi komisyonga berish lazım. Avrupa Birliği'ndeki qaysi komisyon berish lazım. Misalga Amerika'ga berdigan bo'lsa qaysi idoraga berish lazım. Degandek shunday narsalar bor bu. Hammasi videoda degan bilan u video ashyalarga boramdi, bormamdi, shunga Dünya Uygur Kurultayı bilan aloqa qurib, Dünya Uygur Kurultayı'nın tapkan yolları bile aşağı hemen diyen adreslara yollap belgili bulundu. Misalga birden emez, misalga 10, 20, 30, 100 min müşindak sanlı bile birlikte yollaydıgan bolsa yoki kadem yani işlerge bölüp müşler yollaydıgan bolsa onun tesiri çoğun buludu. Yani kimge yollaşma muhim, qaysi idarıga, qaysi organga yollaşma muhim. Halgancı bir yer yollasa o meselege mesul olmasa onu bu işe qarab ketmeydi. Yani bu işe mahsus mesul olan kişiye veya organga yollab berish lazım. Neticede bu bir yaxshi iş. İmza toplaş. Yaxshi iş. Rahmet. Hemmeden özünün derdini diyeliş lazım. Çünkü chet elde Xitayga qargan chaqda xeyli bir erkinlik var. Bu erkinlikninki bu şarayitda bunu qilish lazım. Qanchalik ko'p bo'lsa shunchalik yaxshi. 1 milyon adam lagerda, jazo lagerda deymiz. Ama bununla bir qancha 100 adamninki tizimligini chiqaramayapmiz. Bu yerda eng azda bir 100 ming adamninki bir dokulatı bo'lsa, nima evrak ma'vu hujjat bo'lsa, texmo ta'sirlik bo'ladi deb o'ylayman. İnşallah mençe bu bo'ladi deb o'ylayman bunun dinkin. Çünkü Uygurlarda bek ciddi bir o'zgarish bor muhacirlarda. Yani hemmeyle asas jihatdan nima qo'yapti? İmza qo'yapti. Hatta ba'zi qarindoshlar Facebooklarda imza qo'ymaganlarni do'stligidan chiqarib etish ve imza qo'ymaganlarga nisbatan bir jazo qo'llanish tadbirini o'ylashyapti. Bu balkim to'g'ri bo'lmaganda ko'ransimi buningdan keyingi mujodilimizda
mush imzo qo'yish, guvohlik berish va Uyg'ur davosiga yaqin kelmaydiganlarni maxfiy yaqin kelmasa maylimdi, maxfiy ish qilayotgan bo'lsa, ammo Uyg'ur davosiga haqiqatan maxfiy oshkor yaqin kelmaganlarga nisbatan Uyg'urlar bir muhabbat nafrati aniq bo'lsa degan ko'z qarashdiman. Buningdan daha bir so'zlari diqqatimni chekdi. Masalan, buni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bevosita nima qilsa ham yaxshi bo'ladi dila. Men bu gapga qaytilaman. Nima uchun deganda bir 15-20 yildan beri lobbichilik qilayotgan xalqaro davlatlar bilan, hukumatlar bilan bir munosabat ilayotgan bir hukumat tashkilot bor oldimizda. Buning orqali bo'lsa nihoyat yaxshi deb o'ylayman, ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi izlab kelgan imzoni saqlamasdan imzo qo'yish faoliyatini yuqori cho'qqiga ko'tarsa deyman. Bu jihatda Dunyo Uyg'ur qurultiyining bir plani bormi? Aslında bu planlar var. Çünkü bazı guvoh berganlar o'zining ismini yushirishning ko'ydi. Yani meni demisam deb. Shu boshqa Dunyo Uyg'ur qurultayininki hozir chiqqan narsalarning bir qismi hamda yushirin, yani sirtqi dili bo'lmaydi hamda. Chunki guvoh bergan kishi shaxsininki xavfsizligini qo'g'dab qilish lozim hamda. Ama bu qiyin bo'lyotdi. Chunki bu 100 mingdek bir sanni chiqara olsak belki yaxshi bo'ladi. Hozir bu songa erishmayapmiz. Ama Dunyo Uyg'ur qurultayining sirtida o'z oldiga qilayotganlar bor. Hamda bularni izlab tepib qilish lozim hamda. Qurultayda ki adamlarninki soni yoki bu ishlar bilan shug'ullangan soati bo'lgan, vaqti bo'lgan odamlarni belki jiq emas. Bo'lmasa shu o'z oldiga mishda qilayotganlarni izlab qilish lozimdi. Ama qurultayni burunma ilan qilgan, yani şu sanni beringlar, o nimada Birleşken Devletler Teşkilatı'na, Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne sunumuz deb. Shundaqla bizninki Ankara'daki Uyghur Tadqiqot Enstitüsü var. Bu enstitü bunu qilyotir. Hozir necha yuz nima yig'ib bo'ldi. Uni shu uni e'lon qilmay turib yollaydigan yerga yollash. Ondan keyin ba'zi shaxslarni buni qilyotdi. Ama bizning xabarimiz bo'lgan taqdirda, yani hamkorlik qilishda bunu mesela ba'zilari 50dan chiqdi, ba'zilari 100dan chiqdi. Bugungi yani bunlar deganda hozir bir qancha ming bor, ama 100 mingga chiqara olsak bu texmi Xitoyga bir bisim bo'ldi. G'arb davlatini texmi qo'zg'andira oladi. Bugungi programmamız biraz qisqa bo'ladi. Ba'zan so'raydigan masalalar bor o'zlaridan. Shuning uchun qisqa kesiman so'zlarini kesib o'tib qolaman. Ya'ni o'tgan qatimliq programmamizda biz dünyada Uyg'urlarning eng kuchli davlatdan birisi Turkiya. O'rta Osiyoni hisobga olmaganda. O'rta Osiyodagi Uyg'urlar hamda bugungacha apu qilib kelyapmiz. Siyoset yaxshi emas. Ruslarning va Xitoyning va u paras hukumatlarning qo'lida bir ish qilinmadi deyapmiz, ammo bu imzo to'plash degandek narsalarga mencha bir kuchab baqsa, hech bo'lmaganda maxfiy kuchab baqsa yaxshi bo'ldi. Uni biz ayrim hisoblasha olamiz. Bu munosabat bilan O'rta Osiyodagi butun Uyg'urlarga shuni studiyo nomidan desak, nomus qilinglar, maydonga chiqmasanglarmi mayli, bu imzo etishga pul ketmaydi, oshkorlik ketmaydi. Bunu maxfiymi qilg'ili bo'ladi. Agar Uyg'ur bo'lsanglar, cho'qim Sharq Turkiston uchun imzo etinglar degan bu nidoni bu yerda chaqirma va Turkiyada Uyg'urlarning soni ko'p, hamda bu yerda turklarningki qo'llashiga erishish pek yaxshi bo'ladi agar yaxshi tashviqot, yaxshi ish qilib qolsak. 1 million imzo to'plash faoliyati degan bir faoliyat boshlansa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi yetakchiligida, bu Turkiyada shundoq bir faoliyat o'rinlashtirsanglar, buning qanday qaraysiz? Bunda bir plan bormi yoki qo'llamsizmi shundoq faoliyat? Tabii qo'llaymiz hamda Turkiyaninki o'zininki bir tashkilotlari bor. O tashkilotlarni qilyotdi buni. Hamda buni shu texmi hamkorlik shaklida qilish uchun shu bütün tashkilotlar bir yerga kelish lozim. Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan munosabatli bo'lgan yerlik tashkilotlar buni qilyotdi. Ama münasebeti bo'lmagan tashkilotlarni o'z oldiga qilyotdi. Bunda deganda bu jihatda bir hamkorlik jihatdan bir kamchilik bor hozir.
Eğer aşındak bir hemkarlık nemisi bolup kalsa Türkiye'de bir Türk halkıdan bir milyon bence eğer Oğulval'dan ikisi çıksa inşallah mayli Dünya Uyghur Kurultayı'dan bolsun mayli başka teşkilattan hemkarlaşıp çıksa 1 milyon imza toplashqa mening ko'zim yetadi şahsen ama inşallah kelgusi zamonlarda ko'ramiz. Teşkilat en ko'p bo'lgan Turkiyadagi teşkilatlar uxlamasdan mushu faoliyatga yetakchilik qilsa deb shuni umid qilamiz inşallah. Xo'sh, bizning xabarimizda bugun bir xabar chiqdi. Ya'ni Amerika Turkiyaga qarata planlagan iqtisodiy krizisning o'tirida Xitoyninki Turkiyaning fursati Xitoy tarafga nihoyat yaxshi bo'lyotidi. 15 milyar dollarlik mablag'ning keyindan deydi. Ya'ni Qatardan Turkiyaga 15 milyar dollar mablag' kelgani to'g'rimi? To'g'ri. Undaqda Ama bu manda tushunish lazım. O 15 milyar bo'lsin, Xitoyninki 3 milyar 700 milyon bo'lsin. Bu pullar qadam bilan keldi. Yani bir doğda kelmaydi o. Bazen pul bilan keldi, bazen o Türkiye'ye ihtiyoch bo'lgan narsa, yani bir narsa bilan keldi. Yani qandaylik bo'lsin bu bir yolg'on gap emas, bu bor. Yani 15 milyar dollar mablag' Turkiyaga keldi degan gap. Mayli. Şu yani Xitoyning şu Türkiye'ye bir 30-40 milyar dollar saldıgan gapmi bor. Bunu hazır 5 milyarını sözleşip ötüptü. Ondan keyin yani sözleşip kıldıgan ahvallar var. Bununki tekniklerimi köp. Yani Xitoyninki Türkiye'deki bankaga yollab, bu banka arkalı Türkiye'ye berişmi var. Bir vaz Xitoydan Türkiye'ye pulni berishning kimi ahval var. Yani Türkiye hazır iktisadi krizden çıkış için bazı devletlerden müşündaq qarzi ilişki tirişiyotidi. Yani bugünkü xabarda biz muloyiza qilgan xabarning birinchisida Xitoymi mablag'ini Turkiyaga tikyotidi degan nazarlarni ochiqlab o'tdilar 5 milliardga yaqin deb. Masalan, Xitoyning bir şirketi Alibaba Türkiye'nin tren yol şirketini setib olgan deyildi bugünkü xabarda. To'g'rimi bu? To'g'ri bo'lishi mumkin. Çünkü bu gap yeni bir gap emas hamda bir necha yildan beri sözleşiyotidi bu. Ondan keyin boshqa şirketlarning, misol telekommunikasyonninki bir qismini setib olgan ahvollar bor. Hozir Turkiyaninki bu iqtisodiy kriz bor bo'lg'achqa Xitoydagi pul bo'lgan davlatlar mushu Turkiyaninki ba'zi mal mulklarini setilishga tirishiyotidi. Hem de Xitoy agarda Turkiyaga mablag' solmaydi, Turkiyaning ba'zi shirkatlarini yoki ba'zi fabrikalarni setib olmaydi desa, umi ishonchsizlik bir ahvol. Chunki Xitoy kelgusida Turkiyaga ahamiyat berishga bir majburiyat bor. Yani o burungi programda mı chiqdi bu? Yani bu yeni İpek yolunu amalga oshirish uchun Turkiya bu yerda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi bu yerda. Yolg'izla İpek yolu meselesi emas. Yani Turkiyadek bir cevap strateji o'rni nihoyatda mo'yin bo'lgan bir davlat. Mandalit depre bu oteldeki ishchilar bo'ldi-ku, otelniki, o turnike ishchilar. Türkiye ishchilar o'xshaydi. Agarda Amerikaga ichib bersa, Xitoyga yepitidi. Xitoyga ichib bersa, Rossiyani yepitidi. Shunga bu cho'ng davlatlarning talashadigan bir rayon bu. Hamda Xitoy jahongir davlat bo'laman deydigan bo'lsa, bu Türkiye'ni qayirib qo'yib yoki Türkiye'ni ko'maslikdan keladigan bunda ahvol bo'lmaydi. Yani bir mesele olsa şu Uygur meselesi. Yani Türkiye'nin kolu bile şu Uygur meselesine bir yatıştırıp hatta yoktuşka ortaladı. Yani Türkiye Xitoy için mühim bir devlet. Ondan da Türkiye'nin ki bu özge yani Xitoy özge tartış için Türkiye'ye hem de mablag' selish pulu bile yoki başka menfaati bile Türkiye'ni özünün yeniga tartışga tirishidi hamda. Bundan keyin nurg'un narsalarni anglaymiz. Onu setyapti, bunu setyapti deb. Xitoy manda shirkat quribdi, anda shirkat quribdi deb. Hozir Turkiyada, Istanbulda, Ankarada, İzmirda nurg'un Xitoylar bor. Hatta ichki Anadolu'dagi ba'zi yerlarda nurg'un Xitoylar bo'lib ketibdi. Bular hammasi shu shirkat bilan, fabrika bilan munosabatdagi Xitoylardi. Yani necha vaqtdan beri
programmalarımızda sorulmagan bir sualını sorayım. Undaqda Uyg'urlar qanchalik foyda oladi bu mablag'dan? Xitoy mablag' silyapti. Albatta bu Xitoy silyapotgan mablag' bizning pulimiz. Sharq Turkistonni bulab, talab, neftlarimizni, ko'mirlarimizni, oltinlarimizni bulab chet el davlatlarga sotilish uchun ishlatyapti. Buni nihoyat inchki hisoblaydi Xitoy. Biz Uyg'urlar qanchalik foyda olamiz bu yerda? Yoki foydalanmamız? Nayt az sandaki Uygurlar paydalış mümkün. Yani Xitay ile Türkiye ortak şirketler olsa bir yerde bazı Uygurlar işlevadı. Onundan keyin Xitaydan kelgan turistler, seyahatçilerini yetlep kılayotgan ahvolda. Şu az sandaki Uygurlarga bir faydası oldu. Kalan Uygurlarga hiç faydası olmaydı. Eksine bundan keyin texmi Uygurlarga çoğun bisimler kelish mümkün deb o'ylayman. Yani bu sualımның tegide Türkiye devleti, hükümeti yoki Recep Tayyip Erdoğan başçılığındaki bu hükümet Uygurlarga qanchalik foyda berdi demoqchiman. Turkiyada yashayotgan Qanchalik Uygurlar. berdi o degan o devlet tarafından berilgan bolsa o misalga Uygurlarga uzun müddetlik ikamet berişi ve bu ikamet ile 5 yıldan keyin grajdanga ötelişi ve bu ikamet ile birlikte işleliş yani işleş hakları degandek bu ikamet ile mektep okuşu degandek faydası boludu. Hazır bu bazı Bu normal iş faaliyetlerini bu. kıladınız. Bunun dinkin Bu normal iş bu. Mesela başka Afganistanlıklar var, Kazakistanlıklar var, başka da Çeçenyalı var. Onundan başka bizden başka nurgun mülteci olup iltica kılıp kelgenler var. Irak, Suriye mesela Suriye'den 3 milyon adam var. Hemmisiga berip yani bizge bir alay bu yerdeki mesele mundaq erken efendim. Bir Xitoy Türkiye'ye dünyadaki başka devletler qaraganda alohida mablag' selyapti. Biz bunu ko'ryapmiz. O'zlarimi deb o'tib ketdilar. Ya bizge Suriye'dekilerge bergandek bir hukuk veya ki başkalardakilerge bergandek hukukun berişi bu adilsizlik bu. Mesela bu bir to'g'ri. Yani bizge nim berdi Türkiye. Bizge bir narsa berish kerak. Bunun nim değil. bu Türkiye'ninki kalan bu Müslüman kırındaşlara bergen bu haklar meclisten bir karar çıkandan keyin anandan berildi. Uygurlar meselesi kelgan chaqda bir qismi berildi, bir qismi berilmadi. Şu bir berilmagan bir qismini nima Türkiye'deki teşkilatlar hamkorlik qilib, mushuni hal qilishga tirishyapti hozir. Misalga Türkiye'de ba'zilariga bermaydi. Misalga Balkandan kelib qolgan ba'zilariga bermaydi. Ermenistandan kelib qolganlarga bermaydi. Yani u yerdan kelib qolganlarga bermaydi. Ya ular Yani talab beryapti, onu meclisten bir karar çıkan takdirde berdi. Hazır hem de meclisten bir karar çıkış hem de o AK Parti hakimiyeti çıkaralaydı bunu. Ama bunu aşında düşündürüş lazım. Ama A tarafta Xitay mı var? Xitay'ın şu meblağını ben bir daha samayman deydi. ya tamam Makul. makul. Uygurlarga bundan Xitoy bo'lsin. Boludu biz Uyg'urlarga beryapti deb o'ylayli. Yilimi bek kechikib berdi Turkiya Uyg'urlar iqomatini. Asli Uyg'urlarning hammasiga vatandoshlik berib aytgan bo'lsa, kelgusidagi Turkiyaning iqtisodiy ahvoli ham yaxshi bo'lishi mumkin edi. Ammo masalan, uningdan burun bizda Turkiya tug'anlarga aynı zamandaki iqtidorlar, ya'ni hukumatlar bir yaxshilik qilib vatandoshlik bergan bo'lsa, Yevropaga nurg'un Uyg'urlar chiqib ketmagan bo'lsa, masalan, her birimiz milyon pulga yarag'idek qimmatli insonlar edik. Bugungi kunda kechikdi va yana kechikyapti. Biz shuni talab qilamizki, ma'qul Xitoy bor oldingizda, ammo maxfiy berish masalasi bor. Maxfiy berish masalasi bor. Xitoy ko'maydi uni. Uygurlarga bugün bir menfaat berse adili hamma adamga anlatıydı berber. Yani bizde bir makal temsil var o iki nan tapsa birisini tapçalıdı deb. Şununla Türkiye hükümeti mi Uygurlarga bo'lgan bazı işlenmezlikler mi var bu yerde? Yani ben degan uzun müddetlik bu ikametini mi hamma Uygur vermeydi. Bir kısım Uygur vermedi. Ulan tekşiravatdı. Xavfsizlik meselesi vardı. Yani bu çıkan kanunların bazı şartları buludu. Bu şartları toşkanlara bunu berdi. Yani bunun da mı içinde bazı meseleler var ki
bazı Uygurlarınki misalıga Suriye'ye ketken ya da başka oturuşar ketkenlerin olanınki balları olanınki ayalların meselesi var dedi. Bularni mı qanday hal qilamiz dedi. Sizin için Suriye'deki can bilan münasebetli bazı terakkiyatlar buludu. O meselelerini qanday qilamiz deydigan nurg'un meseleler var. ya bu yerde sizlar bir mutaxassis. Yani Uygurlarning hech qanday bir ziyni yo'q-ku Turkiyaga. Bu uchuqdan uchuq %100 demay %99 biz Turkiyaga tarixdan beri hiçbir ziyon etkenmegen bir milletmiz. Bizga alohida ko'zi bilan Biz aslında deyimiz ama Türkiye hükümeti ve xavfsizlik idareleri bunda demeydi. yani Türkiye Ularınki şu tekşürgen ve bilgen nurgun nesler var bu yerde. Şunaşka Uygurlarga qargan çağdıma ziyansız Uygur ve ziyanlı Uygur dep mi qaraydı? Ayrıydı. Onun için her Türkiye kelgen Uygurlar hemisi Türkiye'ne yaxşı görek etmeydi. Her kelgen Uygurlar şu Türkiye'lik bolup ketadigan yoki Uygur bolup ketadigan emas. Xitoy Uyguri deydigan bir Uygurlama var. Yani Türkiye ulardı ensireydi. Misalga hazırki paytda Uygurlarning Türkiye'de yanı bir bomba patlatıp, yanı bir işlerini koyup, yanı bir Xitoyni öldürüp koyup salamdı dep hazır her gün aşınından ensireyotdi misalga. aşında ihtimallik mi var mı? Bana bu gap bana külkilik tuyuldu aslında. Aşında ihtimallik mi var mı? Şu Eğer bunun Bobkas bir Xitayning ihtimali var. Yani devletin xavfsizlik idaresi bularni tekşireydi, bularni gündü bularni. Kimnin kim bo'lganligini ügünüp bilip onun için iş kılıyordu. Bu devlet bu. elbette. Ama biz pura boğaçka bunda narsalarga işinip ketmaymiz çünkü etrafımızda bunda adam yok. Ama etrafımızın sırtında bunda adamlar buluş mümkün. Yani Xitay mı buluş mümkün? Türkiye'de terörlük Şimdi- qilmoqchi bo'lgan. Çünkü Orta Asya'da Xitay buni nayet yaxshi o'rin dedi. Türkiye'de mi İstanbul'da mı o'rindamoqchi edi, qilolmadi deb o'ylayman. Bugungacha Xitay bir maqsadiga yetolmayotgan bir terörlük faoliyatini Türkiye'de qilolmadi deb o'ylayman. Menimcha planlayotgan bo'lishi mumkin Xitay. Nima uchun? Türkiye'deki Uygurlarni sistish, butunlay vayron qilish uchun. Chunki menga nisbatan Türkiye'de bek kuchliq bir Uygurlar jamoati bor deb o'ylayman. Onun uchun buni o'rta qildim. Yani Sancak'ta köp ama aktif Uygurlar az. Hüşürün Uygurlar, mükvagan Uygurlar köp. Ama dava kılıvatkan, oturlukta şu Uygurlara yardım kılıvatkan ya da şu dava için hiç gündüzünü verip kılıvatkan adamların sanı az. Doğru. Köp adam da bunda kılmaydı yani. Sancak'tan köp olgan bile aktif olgan Uygurlar bek az olurdu. Şundaq. Türkiye'de aslında qilmans ish bek ko'p, shundaq mı? Yani xizmat qilmans ajoyib jiq ish bor ya aslında. Cık işler var ama cık Uygur yok da bir yerde. Yani bir nurgun Uygurlardan kaçıyordu. Onun için gruplaşıvagan gap bular. Hem dini cetten, ilim cetten, dini cetten, hem cetten işte gruplaşıvagan. Birbirisi bilen köreşmeydigan, arlaşmaydigan, birbirisini işbiyimdeydigan, birbirisine Xitay'ın adımı deydigan, bunda ahvallar var bir yerde. Hala kafir, hala Müslüman deydigan, bunda ayrımcılık mı var? Yani Sancak'tan cık görüngen bile nayeti mürekkep bir kurulma var Türkiye'deki Uygurlarda. Elbette. Yani bugün inşallah teşviqat kuralı arqılıq biz bu Türkiye'deki ma'rif sohasini mı tadqiq qilish doirasiga ketimiz bugün inşallah. Vaqt yetishmay shuni yaxshi qilolmayapmiz. Türkiye'deki radikal diniy tushuncha olsun veya ki aşındaq cemaatlar o'tirsidagi teşkilvazlık, jutvazlık degandek, yani fikirvazlık degandek mana shundaq narsalarni yani aqasinglardek mutaxassislar, doktorlar inşallah deb qarayman. İnşallah. Dünya Uygur Qurultayının Türkiye'deki kuchi nima uchun ojiz yoki nurg'un ishlarni qilolmaydi? Çünkü bir yerde Türkiye hükümetininki ensireydiğen bazı meseleler var. Xo'sh. Yani buna demişsek mi arkada Xitay var degan gibi. Çünkü iki devletin münasebeti yakınlaşkan vaxtıda burama çıktıydı. Bu ulus devlet ya ki bu milli devlet degan devletninki oylaydigan birinci nesil devletninki menfaati.
hak emas, başkası emas. Yani Uygur emas. Uygurlarning ki kişi közü çıraylık deb qaramaydi. Devlet olsa. Bizga ko'ngil bo'lganlar shaxsiy jihatdan ko'ngil bo'lalaydi. Biz shaxsiylarninki, misoliga bir ministr, bir millat vakili bizga ko'ngil bo'lgan bo'lsa, buni davlat ko'ngil berdi deb xo'shal bo'lib, buni topchilib hammaga anlatamiz. Ondan keyin bu Turkiyadagi bu ministrlar, millat vakillar ondan keyin Uyg'urlardan qochadigan bo'lib qoladi. Shuningga davlat bilan ish qilgan chog'da cho'qim maxfiy va yoshirin bo'lish lozim. Do'mboq chaldigan yerlar bor, chamaydigan yerlar bor. Bu siyosat bu. Ba'zan ba'zi gaplarni degili bo'ldi, ba'zi ishlarni qilgili bo'ladi, ammo ba'zi ishlarni degili bo'lmaydi. Bunday bir ahvolda hamda Dunyo Uyg'ur qurultayi Xitoy uchun xatarli bir tashkilot. Chunki shu 10 necha yildan beri Dunyo Uyg'ur qurultayi xalqaro sahnada o'zini tunutgan bo'ldi va Romaman degandim xalqaroda bir marka. Bunda bo'lganidan keyin Xitoyninki birinchi yo'qotadigan tashkilot mushu tashkilot. Chunki xalqaroda Xitoyni avara qilayotgan mushu tashkilot endi. Bunda bir ahvolda Turkiyaga bisimmi mushu qurultayga chiqaroq bo'ladi. Qurultayga a'zo bo'lgan bir 5-6 kishi Turkiyaga kirmaydi chegarada. Yani bunda bir tuğan çağda hem de Dünya Uygur Kurultayı bu Türkiye'de uçuk aşkar bir faaliyet kılışma biraz kıyın. Misalga şöbesini kuruşma kıyın. Çünkü ruhsat vermeydi onunla. Çünkü buna burun sınıf bakkan ahvallar bu. Çünkü Türkiye'ninki yerlik teşkilatı yine ama şu Türkiye'ninki kanunlarına karab kurulgan bazı teşkilatlar biraz aktif faaliyet kılıvadıdır. Ama bularni yine daha kadar bizme bağımdı. Yani Türkiye'den payda iliş imkaniyeti Uygurlarının sizin bütün cevaplarını yığıp ekelsem çıkma otadı yani. Bir payda yok Türkiye. Ben real ahvalını anlatıvadım yani rast ahvalını. Türkiye hazır Uygurları karab yetemeydi. Türkiye'nin bir mınxıl dert hazır. Yalğız iqtisad emas bu. G'arb bilan bo'lgan, rayon bilan bo'lgan, boshqa Xitoy bilan, Rossiya bilan bo'lgan munosabatlar Turkiyaning ichidagi ijtimoiy masalalardan shu terror masalasigacha, FETÖ'cüden PKK'gacha nurg'un ishlar bor. Shuning bu yerda hamda manfaat keladigan yerda u manfaatni yo'qotib qo'ymaydi. Uyg'urlarni Xitoyning oldiga tiklab turib bir o'yinni o'ynag'ili bo'lmaydi. Ammo bu ötküncü bir devir deb ko'rsak oldu. Her qanday xalqaro munosabatlar o'zgarib turg'achqa, bugün bu vaqtincha bir mesele. Bugun bunda devam qiladi deydigan bir ahvol yo'q. Belki bundan da qiyin bo'lib ketishi mumkin. Bugun o'zgargandan keyin bundan da oson bo'lib ketishi mumkin. Ama Türkiye o'zi oldiga, ya'ni o'ziga xos bo'lgan ba'zi masalalar bor. O sebepten tüpeyli cevap iliştez. Yani hazır Türkiye'de kılalaydıgancilik kılıyordunuz hem de. Allah razı olsun bu meselege hemen kirişip kaldım çünkü hakikaten bugün Avrupa ve Amerika bizge kuchavatqanligini hammaylar ko'ryapmiz. Türkiye hem eğer bek kuchayanmasa bu qitim bir injiqlab yiqishini bek umid qilaman. Bütün xalqimiz umid qiladi, siz umid qiladi balkim. Yani bu meblag'lar, bu pullar, bu inamlar buningki albatta hisobi bor. Bizning ulushimiz bor buningda. Türkiye hükümetining, Türk xalqining bu Sharqiy Turkiston xalqi muhojirlarga nisbatan bu qitim qattiq bir inchiqlab qo'lidan kelgan bir imkoniyatni ishlatib biz uchun bir xayrlik bir yaxshi ish qilib qo'yishini umid qilaman. Buni qila olamdi. Buni bir savolga aylantirdi. Buni qila olamdi. Vaziyat o'zgarsa qila oladi, burunmi qilgan. Bundan kim qilish mumkin, yani vaziyat o'zgarganda. Hozir Turkiya qiyinchilik bir ahvolda. Bu qiyinchilik bir ahvolni o'tkazib etmasa bo'lmaydi. Çünkü bir devlet qiyinchilik vaqtida agarda yana shu o'zim bilgandek ish qilman deydigan bo'lsam, devletni yo'qotib qo'ysa. Devletninki bekasi, yani devletning mevjudiyatini qo'g'dab bilish, xalqningki turmushini yaxshi tutib turish uchun
Devlet qo'lidan kelganini qildi. U vaqtida devlet birisininki birisiga ichi og'rib, birisiga ko'ngil bo'lib, bunda qilib ketmaydi. Bu Amerika mı şunda, Xitay mı şunda, Rusya mı şunda, tabii ki Suudi Arabistan mı şunda. Hemisi şunda. Dünyada %90 devlet, hemisi ulus devlet. Ulus devletinin ki adeti ve kaydısı mı şu? Halkara münasebetlerinin ki alaydılığı mı şu? Halkara münasebetinin ki nezriyesi mi? Yanı mı şu? Bugünkü cihanda, bugünkü devirde ahval mı şu hem de. To'g'ri. Ammo bu yerda bir masala bor. Aziz qarindoshlar, sizlar telefon qilsanglar bo'ladi. Doktor Erkin Akram efendimdan qanday savolinglar bo'lsa, naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Bu bizningki mulohiza programmamiz. Shunga gapni qisqa uzib mundaq kesib o'tib boraman so'zlarini. Meningki so'zlash uslubim shundoq bo'lganligi uchun har qanday shaklda naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Xo'sh. Ya'ni ma'qul. Devlet aciz değil yoki qiyin kunda deyli. Buni tushunganligimiz uchun zodi Uyg'urlarmi jiq savr qilyapmiz. Ya'ni Turkiyaning beshida bir datboliqini, ya'ni savr qilyapmiz deganimning ma'nosi bek yig'lab ketmayapmiz Turkiyaga. Bizni undoq qilib ketdi, bundoq qilib ketdi. Yevropada yig'lagandek yig'lamayapmiz yoki Amerikada yig'lagandek yig'lamayapmiz. Ammo endi navbat bizga keldi. Biz qandaq bir vositalar bilan Turkiya hukumatiga dardimizni anglata olamiz. Ma'qul, baytindan beri Turk hukumatiningki masalalarini biroz tushundirgan bo'ldi. Biz nima uchun, ya'ni bizning bir anglatish vositamiz bormi? İmkoniyatimiz bormi? Haqiqiy dardimiz. Anglatish imkonlar bor va qilyapmiz. Burungi programda mı dedim qilyapmiz deb. Avvalmi dedim qilyapmiz deb. Qilyapmiz. Bo'ladi, undaq bo'lsa, sizningki bo'lgan bo'lsa mayli, ya'ni boshqa gaplarni deyiladi. Undaq bo'lsa men bir gapni so'rayman. Ya bunaqa men ko'z yumolmayman. Dunyo Uyg'ur qurultiyi sizlar va Turkiyadagi tashkilotlar, ma'rif derneklari buni qilayotganligi biz herkes ko'z yummaymiz. Uningda hech qanday bir masala yo'q. Ammo mesela Amerika'da Jack degan ağaynimiz 100.000 kişilik bir nima? 100.000 kişilik bir imza toplaş faaliyetini başlattı hazır. Türkiye'de nima uchun yana bir ağaynimiz, parlament a'zosi do'stimiz 1 milyon kişilik bir imza toplaş faaliyetini başlatanmadı, muhalif tuturup. Muhalif keleyli. Xo'sh. Muhalifninki onda bir küçü bo'lmaydi, çünkü iktidarda hakimiyetinin beshida bo'lmag'achqa. İkincide muhaliflarmi hammasi o'tirib chiqmaydi. Misolga Turkiyada hozir matbuotlarda veya jamoat fikriga qaraydigan bo'lsak, qanday ko'z qarash ko'p desam, bu Türkiye Xitoy munosabatini buzish uchun Amerika Uyg'urlarni shunday kuchga aytyapti deydi. Hazır bu görüş hazır Türkiye'de köperek izliyordu. Yani bunu yazan adamlar xil adam buluş mümkün ama hazır şu Uygur meselesine etey teşvik çıkıp şu halkara gün tertipke ekilip Türkiye'ye bizim işiltiyordu. Aslında onda bir nesi var mı, yani 1 milyon adam nasıl ulaştı? Çünkü bu mu garipliklarda mı biraz kıyınken çok. Mesela Norveçya devleti 5 milyon adam var. Eğer de Norveçya'ya 1 milyon adamını cezalarına eklettiyse ulaşılmadı ki. Çünkü bunda olan da Hitler mi kılamagan bunda işlerini de. Şununla bazı devletler de bununla işlenmeli. İşlenmeyen bunun delil lazım. Şununla biz nurgun doklatlarını yazıp bir vatımız, delillerini bir vatımız. Çetel'de çıkan doklatlar var, Birleşken Devletler'in ki, Amerika'nın ki, mesela bazı mütehassisler var. İnsan Hakları Teşkilatı'nın ki doklatları var. Türkiye'deki teşkilatlar bunu Türkçe tercüm kılıp, ona şu devletinin ki münasebet yerlerine sunmadıdır. Türkiye'de mesela avaz çıkaranlarda mesela Kürtlerin bir partisi var, HDP deydiğen. Mesela şu partinin ki bir azası çıkıp Uygurlarına kovdakçıydı. Bu mesela hiç bunda işlerini kılmadı mesela. Bugün del mi? İyi parti deydiğen, yani yakşı parti deydiğen bir parti var. Ular mı parti namıda bir beyanname ilan kıldı.
Misal bugünlerde şu AK Parti'nin milletvekili olan bir şahsıma, buranın şu insan hakları komitesinin başlığı boğa adamı, onu çıkıp beyan kıldı. Yani bütün dünyanı zılzıl kılış lazım, bu Xitayga bir isim işitiş lazımdı. Yani Türkiye'de emde bunda bir avazla çıkmadı. Aldığımızdaki günlerde belki onuşuluk gelişimi mümkün. Onunla karavatımız ama Xitay adretimi cim tutmayı vardı. İnşallah. Yani nispeten Xitay'ın güçü bizden güçlü bu başka bir yerde. Yani tamponluk çektim dağıtı mı? Şununla bu işimiz o asan emez bir yerde. Yani netçe adamlarla, güçlerle küreş kılıvatımız. Birisi Xitay, birisi Türkiye hükümeti, birisi Türkiye cemaati. Yani bulağı anlatış, bulağı düşendiriş ve ulağını kayıl kılış, düşendiriş şunda kıyın. Doğru. Hazırda vaziyet yaratkan bir ahvalda bu. Bu ahval artık özgürdür. Yani her zaman biz ümitlik karayımız bunu. Türkiye'de 20-30 yılda yaşadık. Nini nesnelerini köydük. Her zaman, her vakitlerde özgür, vaziyetle özgürdür. O vakitte işte başkaça buluş mümkün. Doğru, rahmet. Bugün bu Gerger oğlu meselesinde bir haber çıktı. Şu birazdan aldıdaki haberimizde. Onu ben birazdan keyin sorayım çünkü bir qarindishimiz telefon qildi, bir qancha minutdan beri saqladı. Onunki qarindishimizning so'zini anglab bo'lgandan keyin so'zni sizga beraman. Assalomu alaykum. Ve aleyküm assalam Hüseyin Teceli efendim. Hürmetli Erkin Ekrem efendim. Selamun aleyküm. Va alaykum assalom. Aleykümselam. Ben programı geç girip kaldım. Azrakmış Erkin Ekrem akımızdan diyen bir gip var. Ben onu hoş olmayayım. Reddiyasını üzerine sözleyeyim. Onun Erkin Kam üzerine fikrini sözleyip versi oldu. Buladan ma qisqa olsun. Çünkü Türkiye hiçbir zaman ekonomide iktisatta kıyışlık havalda kağayır yok. Türkiye biz kelgen yani benim 18 yılda Türkiye'de her yıl yaxşı gitip vardı. Yani magipiga qo'sholmayman. Yani Türkiye'nin ötken yılı Angliyaning 34 milyar dolar, Xitoyning 5 milyar dolar algan qarz puli. Yani Xitoy hech qanday bir muhim davlat emas Türkiye için. Endi ma'lumki Al Jazeera qanuni bilan Xitoylar munosib yaqin turib bizga shu lager masalasini chiqadi. Amerika chiqadi, Avrupa chiqadi. Ama Türkiye'ninkini endi devlet muhim deb Erkin Kamilning gapiga men shuni qo'sha olmayman. Xato deyish kerak. Türkiye'nin hozirgi işte bir hafta oldu. Endi chiqadi televizorda bizning lagerni, zaman nazi kamplarning lagerlarining ashina. Bunu xato deyish kerak. Çünkü Türkiye'de hozirgi boshqarayotgan AK Parti o'zi bütün yayınlar hammani qamal qilib olgan. Shuni bu hozirgacha bir haftalig'icha hiçbir kanalda bizning lagerni to'liq hech qanday xabar berilmadi Türkiye'de. Bir yerde Xitoy'niki o'zininki bir şey yaqinqi 5-10 yil Türkiye'de qolgan qaror niyatları var. Bu orqali bu ishlar albatta chiqdi Xitoy. Çünkü lager masalasi 1,5-2 yil Türkiye'de hech qanday televizor chiqmadi. Buni davlatninki qo'g'dab qo'yishsa hech bir Türkiye zo'r durumda qolib qolgani yo'q. Buni Erkin komandasi bo'lmaydi deb qo'sha olmayman. Ya o sizning yo'q, ma gapni anglang. Sizning shaxsiy ko'z qarashingizni o'tirib qo'yish erkinligingiz bor. Ammo Erkin Kam hamda bir mutaxassis doktor. Ya'ni bunda desa bo'lmaydi, u bu degan gapni qilmay, shu o'zingizning fikri bilan vaqiflansangiz shuni. Hüseyin efendi, benim üzerinden fikri. Ben qo'sha olmayman deyaptim. Qo'sha olmayman dedi. Tamam. Erkin Ekrem efendi qanday fikri olsa balki desi bo'ldi men savolim tikkandan keyin. Bo'ladi. Undaq bo'lsa men so'zni Erkin Ekrem efendining o'ziga berayim. Erkin chiqib, u yerga chiqib Turkiya zo'r durumda gap qilmasa, bu to'g'ri desa bo'lmaydi. Xato deyish kerak. Yo'q, unda Erkin Kam o'qib ziyoli adam 20 million Turkiyada yashayapti. Erkin Kam chiqib televizorda bu to'g'ri Turkiyaning qiyig'i desa, buni Xitoyga qo'llab bergan bo'ldi. Türkiye hozir haq qilayotgan bo'ldi. Xato siyosatni qo'llab bergan bo'ldi. bu yerda Shu xato deymiz. siz qayerda uryapsiz telefonni? Men Turkiyada uryapman. Tamam. Sözünüz tüggen bo'lsa, Ben bu işi hem düzgün çözüm kıpasın. Demiş ki bundan Türkiye'nin hazır gap kımmatkanlığını bu yama uzun mesele. Ben bunun bölümü deppesem gap uzak bitirmeyen. Yani ben program deprem kulağım olursa. Ben Türkiye'nin uzun fikirden ma gapını deppesem. Yine hata mı doğru mu diyebilirim. bo'ldi, rahmat sizga.
Yani biz fikir qilish masalasida meningcha mandaq bo'lishi mumkin deb fikr qilsak, bir-birimizni hurmatlagan asosda nihoyat yaxshi bo'ldi aziz qarindoshlar, ammo andisi bo'lmaydi, mani qilsa manda bo'ladi desanglar, bir hadis vardı, balası tatısıga o'rgatadi degan yoki shogird ustoziga o'rgatadi degandek, bu yerda 20-30 yil bir inson o'qib, tadqiq qilib, mutaxassis bo'lib, doktor bo'lib, jinoyat olsa, balkim fikri qetilmasak bo'ladi, ammo bunda desa bo'lmaydi deyishimiz uchun bek cho'ng bir narsa ketadi. Yani 20 yil o'qishimiz lozim bo'ladi yoki bir unvon olishimiz lozim bo'ladi. Yani shuning ustiga chiqarligidek bir ilm lozim bo'ladi. Chunki biz bu jihat zot o'rganmayapmiz aziz qarindoshlar. Chunki ben studio nomidan men Erkin efendimdan men kechirim so'rayman. Qanday fikr qilaylik, axloq bilan, go'zallik bilan, chiroyli so'rasanglar biz nim qilamiz? Qabul qilamiz, bo'lmasa biz qabul qilmaymiz. Shaxsan men bu qarindishimizning fikrini qabul qilmayman. Qog'inni Erkin efendimning o'zininki og'zidan anglaymiz. Marhamat Erkin. Hem de bizde nadan adamlar ve köp. Bazı nimede sahada okup yetişmey durup, onun hakkında fikir bir alaydıgan, hüküm çıkaralaydıgan, bunda bir adetimiz var. Çalıp iyi adam öldürdü digendek, çalı bilim adamlar cemiyetini öldürdü. Şununla bu hemen niminin özünün kesbidar adamlar sözleş lazım bunu. Türkiye'de hiç kayız yok deydi. Bu Türkiye'de hiç yaşamagan okşaydı qaraganda. Boptu Türkiye'de mi yaşamagan bolsa, xalqaradaki bu haberlerine, bulup mu iktisadi haberlerine, mesela Financial Times'ını okumamdı, Reuters'ını okumamdı. Eğer de atmışlar bir kızıklıdan bolsa, okup baksın Türkiye kadar bir kayızının içinde bolganlığını gördü o vakitte. Ve hazır Türkiye'de bizimki maaşımız bir keçide %40, %50'lik ezanlaşıp gitti. Hazır enflasyon çıkıp vardı. Bunlar yaşamadı mı? Mallar kıymetleşip ketkenini bilmey adamdı. Öğünün bağısı düşüp ketkenini bilmey adamdı. Yani turmuş ketinde adamı. Yani iktisatçı buluşuna hacet yoktu. Yani demek ki başka bir gayri niyetiyle gapni qilgan bo'lsa kerak. Onun için ben onun açık cevap verişinin kime hacet yok deb o'ylayman. Endi bu yerda davomli biz deyotgan narsa Qur'onda oyat bor, bilmagan narsa ustida so'z qilma yoki u masala ustida to'xtalma deb ochiq oyat bor Qur'oni Karimda. Ve fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Sizlar bildigan kishilardan so'ranglar, shu ishning ahlidan so'ranglar dedi. Bu yerda Erkin Ekrem efendim stratejiya mutaxassis ismi var. Hiç kim bunu inkar kılamaydı. Her kanda karşı teşkilat, karşı şahıs kim bolsun onu inkar kılamaydı. 20 yıl 30 yıl okuganda bulduğu iş. Onun için fikir qilgan vaqtinglarda hurmat bilan qilishinglar kerak. Eğer karşı tarafdan fikir qilayotgan insonlar bo'lib qolsa, masalan, tashkilotlar o'tirsida fitna teriydigan yoki bir-birimizni dushmanga soldigan mandaq kishilar yoki shu jamoat so'rini oldida uning inovatini to'kmoqchi bo'lgan yoki tashkilsiz manda insonlar bo'lib qolsa, biz butun kuchimiz bilan u insonlarni qarshi turamiz. Faqat fikringlarni shu meningcha manda fikir, meni so'raymanlar desanglar bo'ladi aziz qarindoshlar. Xo'sh. Bu mecliste bugün Gerger oğlu bu HDP'deki bu kişi bundan burunmu bir qancha HDP'den bir qancha bizning masalamiz to'g'risida so'ralgandi. Masalan, Türkiye'de bizning bir muxolif bo'lash, ya'ni ba'zi kishilarning muxolif bo'lib turib o'zining haqqini talab qilish imkoniyati bormi masalan? Muhalif teşkilat. Var hem de Türkiye'de bizim Uygurlar köp zamanda şu 10 partiye yakın bulundu. Burun MHP'ye yakın boğan tek hazır AK Parti'ye yakın. Şununla başka partilerge kırıp ya da aralışıp kıldığı adamlarımızın köp yok. Birkaç partide şu birkaç Uygurlar var. Yani sanıgıdek. Aslında Türkiye'de faaliyet edip bir iş için mışındak avazını köp aldığan partilerge hemsine kiriş lazım deyip oylayman.
Çünkü bu dava Türkiye'nin o parti bu parti bile alakası yok. Yani bütün partinin üstünde bir dava. Hani öz vaxtıda Mehmet Emin Buğra efendim diyen, İsa Abdülkerim efendim bunu diyen. Ama bazı faaliyetlerini kılış için bir parti bir hükümetke yakın bulmayan takdirde kılış kıyınçılık ahvallamı var. Ama umumi içetten diyen vaxtıda her partiye adamlar kırış lazım. O partinin içinden ondan kim Uygur davasını kılıp ve şundakla Türkiye'deki şu köp partilik şu zeminde, şu ortamda tört taraftan ilip bir iş lazım. Tek yalnız bir tarafta bu vaziyet özgergenden kim ayada kaldıran gel. Eğer de çiçekken olsa, tallaydıgan imkanlar köp olsa, birisi yıkılsa yani birisi teyya bağ degen gep de hem de bana diyenler. Mesela YDP bilen Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi de Uygurlar var. Onun da hizmet kılayotgan qarindaşlarım qili köp. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bilen YDP'de asasen yok diyerlik. Mesela muşundaq nimelerga kirip turup derdimizni anlatıp. Mesela YDP Gergeroğlu xili jalliq gap qildi bu adam. Bundaq bir imkoniyatning afzalligi bormi? Yani biz hozirdan tortib deyishni boshlasak balkim 5-4 yildan keyin endi Uyg'urlar u yerga yaqin kelishi mumkin endi. Shuning uchun sizlardan bir javob olsak yaxshi bu masalada. Hazırda Türkiye'de yaşayan Uygurlar köpünce şu Türkiye'nin cemiyetinin ki maçide yaşaydı. Yani Türkiye'nin ki yadro kısmına kelgen Uygurlar pek az. Şununla bu parti işleriyle aralıştırganlarma pek köp olmaydı. Bulup birinci evlatlar normalde can bekiş, öğünü bekiş, balcakını bekiş diyen bir vazifesi buldu. Belki şu 90'dan kim Türkiye'ye gelgen yani Sancak'tan dağıtma köplep gelgenden kim. İkinci evlatlardan belki mışındak diyendek partilerge kirip, milletvekili bulup, ertügün minister bulup, mışındak kıldıran işler, mışındak bir ahvallar peyda buluş mümkün. Çünkü şu Türkiye'de mesela Çerkezler deyimiz, Özbekler deyimiz, başka şu Türkiye halklarda mı milletvekili bulup minister bolganlar var. Hem de Uygurların işidime çıkış lazım. Kaysı partini kalıgan olsa şu partide kılış lazım. Ama köpçülük Uygurlar bunda oylamaydı. Yani özüge yakın olan parti bile aralışmış, yakın bulmaganlar bile aralışmayımız deydi. Yani hissiyat bile yakınlaşıyordu bu meseleye. Yani siyaset bile siyaset degen hukum bile yakınlaşmayıyordu. Dava bir siyasettir. Yani siyasetin ki uslupları var. O uslup metodu karab iş kılış lazım dep oylayman. Bu belki ikinci evlattan kim peyda buluş mümkün dep oylayman de. Allah razı olsun. İnşallah halkımız bu neslinden düşünüp kala bir güne. Düşüngeli unumavadı da ama bir gün düşünüp kala inşallah. Amerika'dan bir kardeşimiz telefon qıptı. Biz sözünü anlap baksak ya Kanada'dan numarını. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Hoş avazdır ba. Avaz çıkartamda. Qaysanlardan qadir vaqti yaxshi olsun. Bu Erkin Ekrem efendimge layık çoğun hürmetim var dedim bugün kez diğer sözleri bir taraflama bu qağını aldı da telefongan kardeşimiz mi xel bir meseleni gösterdi lekin hakikaten bir tarafını yapıldı degan. Belki özüm şu Türkiye'de hizmet qilish ham Türkiye'ni puhras qilish bilan Türkiye'nin yaxshi tarafini ko'rsatish mumkin lekin bugünkidek shunday vaqtda Türkiye'ninki qo'padigan yani Uyg'ur deydigan vaqtida mana pasib qolib turishim menimcha bu Türkiye'dagi boshqa partiyalar yoki xalq tarafining hargiz ulardan gunoh ko'rmaymiz. Ular haqiqatan qila oladiganini qilish mumkin. Oldida degandek barliq medialarni Türkiye şu Erdoğan hükümeti başkuruş qo'llasa olalaydi. Bu mediani aytmaydi to'g'ri to'g'ri dedi. Anki bu Erdo'g'anningki hozirgi bu shaxsiy g'oyasi asosida davlat boshqurishda pek monopollikni evoldi. Bu 2015 yildan boshlab uni oldi ham shu atrofdan boshlab g'arbdan o'zini yiroq tortib, ya'ni g'arbdan foyda chiqmaydi deb o'ylab o'zini Rossiya bilan Xitoy tarafga tortib, men tarafdan manfaat olayman deb. Muşdan hemisi başlanış hem de.
Hozir endi bu krizis nayt yuqurtalik chiqdi. Masalan, bu krizis Turkiyaning krizisi emas. Bu Turkiya degan kichik davlat. Faqat ikki cho'ng davlatning oralig'idagi bir peshka. Aytib tushunmayman. Lekin hozir bu krizis haqiqatan ma bir vaqt bir yo'l degan bu strategiyalar qo'yilgandan keyin bu haqiqatan bu Amerika bilan Xitoyning Maroin xarakterlik strategiyasi haqiqatan bir-biriga qarama qarshi bo'ldi. Haqiqatan jangni ichilishi yo bo'lmasa iqtisod bugun bo'layotgan barliq pul muomala krizisi bo'lishi oldi turyapti, iqtisodiy urushlar bo'lyapti. O'sha hammasi mushunga sababidan hamda bu Turkiya deydi u xiyolida menda cho'qim mushundan manfaat chiqadi, g'arbdan manfaat chiqmaydi. Turkiya demaydi xatoda qoldi. Erdo'g'anning xiyoli hamda. Shunga biz hamma mas'uliyatni Erdo'g'an qo'yishimiz kerak. Bo'lsam Turkiya boshqa partiyalar garchi ular o'zining partiyaning kuchini oshirish, Erdo'g'an partiyasini o'rniga chiqish g'oyasida bizni qo'llab chiqish mumkin. Qo'llab chiqsa qo'llashimiz kerak bizga manfaatli bo'lsa. Erdo'g'anningki shaxsiy o'zining pek ulug' chaqilish bir shaxsiy psixik xarakteri bor. Ya'ni podshoh bo'lsam ya unday bo'lmasa shu davlatning men bir nimaninki shaxslarninki shaxsiyati ustida jiq to'xtalmayli. Siz savol so'ramsiz yoki shu fikringizni bilmoqchi? Ya men bu fikrlarni o'rtaga qo'ygandan keyin shunga obatda qirilishimizning fikrini dört odam aqlsiz bu deb tushirib yo'qotdimda. Mencha unday emas. U odamning o qirilishimizning fikri urildi. Ya bu mesela Erkin Ekrem efendim bir yerde onun cevap vermedi. Fakat adamın sütünü de bunda okumaydı, bilmeydi biz okuma. O hatta eğer bilim ilgisi olsa kardeşim sen ma fikirlerinin cevabı ma o işte. Kadar abaya anlatılan gibi hiç bizim kulak koşamaydı. Allah koşamaydı ilmi cihetten bizi hayır kılmaydı. Bu küçük bana aldığında Ali mektep emez, o tuluksuz otur mektep balların dersi tutkanda gelmedi. Onu fukumuz biz. Biz mi İngiliz fukumuz, biz mi bu 10 yıl haber okuduk, bilimiz hem Türkiye'nin yakın özgürleş hem beni görüp geldik. Erdoğan'ın kandak adamlığını bilimiz, kancılık şahsiyetçiliğini bilimiz. Hazır bu vaziyet özgürlük, dünya vaziyeti kalkıtıp kandak vuruşlar oldu. Yani Erdoğan ağız açamaydı. Ağzını maylap olan bu. Çünkü bu hazır neydi? Uygurlarning bir nimqoti desa Uygurlarning payrilmadi. Mesela Uygurni o'zininki mana pishkis qilyapti masalan. Uygur to'g'rilab 2009-yili Uygurlarni genocide deb qilgan 2009-40 dedi. Bu orqali Turkiya o'zining mana bu rayon xarakterlik Uygurlar xarakterlik so'zlaydigan chiqib Xitoyning o'ziga manfaat berishni qo'l keltirdi. Ashundan keyin hozir qanday cho'ng o'zgarishib ketdi. 2009-yilgi voqea hozirgi vaqtga voqea qaraganda 10 nas kichik voqea. Hozirgi ish vaqtda genocide emas, Turkiya Erdo'g'an o'zining mana shu o'rta sharqdagi kuch orqali barliq musulmonlarga ta'sir ko'rsatib bizga qutuldirgan yo'l ichish kerakdi. Hozir Yevropa, Amerika, Turkiya qo'shilib ketsa, Turkiya agishib o'rta sharqni bizni qo'llab chiqdi. Hozir bizni olimizdan qutulishni haqiqiy bir ish kechirdi. Allah razı olsun qarindishim, bizniki vaqtimiz bugun qisqa. Bushda ilmiy javob bersa, o 4 demay, fuqurg'ini bo'yicha javob bersin. 4 degan bo'ldi, rahmat sizga. Agar yana so'zingiz bo'lsa telefon qiling, men so'zingiz tugmasdan besitib qoldim. Aziz qarindoshlar, fikringlarni saygı, hurmat bilan qilsanglar bo'ladi. Bo'lmasa biz ekranға yaman testi ekilimiz mötüverlerini aylap, heptilep, körüşep, vaqtning ichidan vaqt chiqarib, bu yerga kelsa, chiqiblam bir qancha qiz gap bilanlar gap xato, ma'ni desa bo'lmaydi degan ma gaplar, bu dört odamning deydigan gapi u. U mandaq chiroyliq, hurmatlik Erkin Ekrem efendim, mening fikrim miyadim miyagicha. Sizning fikrlari qandaq deb savol so'ralsa javob beradi. Bo'lmay andi sonmaydi, mandi qilmaydi, mandaq shaklda so'rasanglar, Erkin Ekrem o'ziga loyiq inson hamda. Hem xolisa javob beradi, xolimiz javob bermaydi. Bu menmi shundaq, sizmi shundaq? Bir odamning savoli xolisa javob bersiz, hamma savoliga javob berish majburiyati yo'q. Men hamda bu yerda Erkin Ekremni texmi ko'p bir narsani o'rganib olamiz deb
Biraz murakkep savollarni so'radim. Herhalde men pishman qildim desam bo'ladi bugungi bu programmada. Ama hürmet qilinglar. Hürmet qilaylik qarindoshlar. Cho'nglarni hürmet qilaylik. Cevap bergiskenimiz bermaverdi. O'zi o'qib, o'zining qo'sqini o'zi to'yg'izib, o'zi jafo chekib qilgan doktorlik u yoki bilim. Ammo javob bergiskenisi berdi. Bergiskenimiz bermaydi. Men shaxsan mening mehminim bo'la sifati bilan erkinkamni qo'g'dayman va hurmatlayman bu yerda. Shunga diqqat bilan so'zlasanglar inshaalloh biz yaxshi javoblarni ola olamiz. Yana bir qarindoshimiz telefon qilibdi. Undan burun erkinkamga men so'z beray. Bugun herhalde erkinkamni chechib qo'ydigandek qilamiz. Biraz nervlarini nem qilyapamdiq, ya'ni chechib qo'yatamdiq. Agar unda bo'lib qolsa programmani Ama men bu jahonda har xil odamlar bor. Xo'sh. Men boshida doktorlik qilgan chog'da nurg'un kasallarni ko'rgan. Ma'lumlik qildim, nurg'un odam ko'rdim. Hozir tadqiqotdan tupayli nurg'un yerlarga berib, nurg'un dokladlarni berib qilyapman. Odamlarni jiq ko'rgan, xil odamlar bor. Buningga xafa bo'lishning hojati yo'q. Albatta deyilgandek, bunday suhbatlarda javob bergisi kelsa, berdi, bo'lmasa bermaydi. Shuningga men buningga javob berishni xohlamadim men. Biz davom qilsak bo'ladi deyman. Allah razı olsun ama ben şahsen bu ekranın keyinde qanchalik jafo chekadiganligimizni bilgan bo'lsa bu qarindoshlarimiz u gapning birini so'maydi, birini demaydi. Ama inshaalloh riyo bo'lib qolmasin. Bu ekranga kelmek uncha bir asos ish emas. Mayli erkinkam uchun bo'lsin, mayli biz uchun bo'lsin aziz qarindoshlar. Bizni hurmat qilsanglar, doktorlarni, mutaxassislarni, ustozlarni hurmat qilsak, so'rayli, hurmat qilmasak uxlayli. Yani o şekilde olsun. Ama aylıqı to'g'ri Türkiye ovoz chiqarish kerak. Men abayni deb o'tib ketdim. Hurmat qilyapmiz. Biz sabr qilamiz. Turkiyaning kuchlanishini biz qo'llaymiz, sabr qilamiz. Yana sabr qilamiz. Bugun Turkiya mushu ikki nimaning orasida qoldi, ikki dushmanning orasida qoldi deb bilamiz. Ammo mushu fursatdan foydalanib qarindoshlar bir kuchab baqsı bo'lamdiki deb ma keyinda telefon qilgan qarindoshimizmi shu bir Turkiya nimishqi mushtaq bir beshini ishiga tiqib oldigando deb ishchisi qilib ba'zi so'zlarni ishlatishdan xoli bo'lolmay qolgan bo'lishi mumkin. O qarindoshimizga men Turkiyaning haqiqatini anlattım. Yani Türkiye'nin tarafını tutup o bu qilgan emas. Çünkü haqiqatni o'rgangan taqdirda biz buni to'g'ri ish qila olamiz. Bo'lmasa boshda bizning engimizda bir narsani shakllantirib buningdagi o shaklga tushmasa xato, tushsa naydi yaxshi deb tushunamiz. Çünkü bizde metod degan narsa yo'q. Bizde uslub, tadqiqot uslubi degan narsa yo'q bizde. Uyg'urcha bir kitobni ham topqilib bo'lmaydi metod, g'arbningki metod bilan munosabatli narsalar. Shuningga bu haqiqat bilan shug'ullangan gap. Ya'ni rost narsa ma'lum. Ama hissiyotga tayinib turib, agarda bir narsaga qarab, bir narsaga hukm chiqaradigan bo'lsak, biz doimo ashunday dardlarni tatib mustaq manglagan gap endi. Buni o keyin bilib bilish mumkin, ama hozircha hamma odamninki ko'ngli nima emas, mamlakatdagi ichinishli ahvollar bor. Hammalarning ko'ngli parakanda, shuning ta'siri bo'lyapti. Yani men yana bir tarafda o'ylab qoldim, Xitoy biz muhojirlarni taxim stress qilib, taxim nervimizni chichish uchun ay vatandagi shu vahshiy xabarlarni balkim ba'zida o'zim chiqarayotgandagi deb mandaq o'ylab qoldim ba'zi, chunki odamning nervisini haqiqatan buzadi. Yani Xitoy qilmaydi desak, gumonliq, ya'ni Xitoy cho'qim qiladi. Yani ish kuch qarindoshimiz keyin-keyindan telefon qilyapti. Bugun programmani telefon bilan oyoqlashtirib o'tdilar. Yana 10 minut vaqtimiz bor. Assalomu alaykum qarindoshim, so'zlasangiz bo'ladi. Va alaykum assalom Hüseyin efendim. Sayın Doktor Erkin Ekrem efendim. Hammaga salom bo'lsin. Men bir qisqa o'zimning fikrimdan bir savolim bordi. Shuni Sayın Erkin Ekrem efendimdan so'raydi telefon qildim. 2012 yılı Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Başbakanlık dönemindeyken Urumchi'ye bağlı vaxtideki dikkat kılsak Urumchi'ninki Şarkı Türkistan'ın vaziyeti de
bugünkü boğan şu jarayan aslında çok bir özgürlük oldu. Künden künye naçarlış yüz verdi. Mesela bizimki qarindoshlarimizniki kaçak yolladım olsun. Şu Xitoyniki shuncha chan chegaradan chiqib tek o'tirish sharqcha bo'lgan shu jarayonlarga shekchi ulashish jarayonida bo'lgan shu ishlar hammasi bu tasaddiqlik emas, hammasi o'rlashtirgan sistemalar hep berilgan bir siyosiy o'yin. Hem de yeni bir mesele HDP'ye gelsek, HDP Halkların Demokratik Partisi bu Türkiye Meclisi içinde mi hiçbir hoş bilen karşılanmayan bir parti. Yani bulan dedi ki kravatlı teröristler dedi bulanı. Bulan iki hem de Uygur meselesini oturup götürüp çıkışı, Şarkı Türkistan meselesini götürüp çıkışı. Tabii ki bundan keyinki özününki siyasi çıkarları için bu meseleyi oturup koyup çıktı. Hem de keyinki partiler özününki Xitoy aşında AK Parti bilen boğan, şahsi iktidar bilen boğan sorunlarını texmo nemqilish iqtidorga kelish amacıyla qilgan bo'lsa kerak deb qaraymiz. Hem shu o'zining bir chiqarini o'ziniki bir So'zni biroz qisqartsangiz mamnun bo'laman. Endi so'raydiganim bundan keyin agar shu hozirgi siyosiy iqtidor AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi'ninki Uygurlarga yani bir mush kelgusi qisqa zaman ichida Uygurlarga siyosiy o'zgarish bo'lib siyosatdan yaxshilanganligiga doktor Sayın Erkin Ekrem Efendi'ninki shunga bir umid bormi yo'qmi shu to'g'riliqda javob berishini qisqacha talab qilaman. Rahmat. Rahmat, Allah razı olsun. So'zni sizlarga beray, vaqtimiz oz qolib o'tadi. Qisqa vaqtning ichida bir o'zgarish bo'lmaydi deb o'ylayman. Ama o'ttiru vadede bu o'zgardi deb o'ylayman, chunki g'arbliklarmi, amerikaliklarmi Turkiyani bu Ruslarga yoki Xitoyga yegizmaydi. Shunga Turkiyaninki albayma deb o'tdim, Turkiyaninki vaziyati o'zgardi. Chunki xalqaro munosabat xuddi osmondagi bulutdek sekinlik bilan o'zgardigan gapchi. Onundan başka mavi G'arb devletlarda Uygur meselesi kun tartibga yomon kuchli bir şekilde kelyapti. Bu çokum Türkiye'ne ta'sir qildi. Türkiye bu cidden hükümet demekçi. Çokum bir narsalarni o'ylashidi. Hem de Türkiye'deki teşkilatlarımı hükümet bilan ko'rishyapti, so'zlashyapti, bergan dokladlarni beryapti, derdini anlatyapti. Yaşayotgan Türkiye'de qiyinchilikda yaşayotgan nurg'un Uyg'urlar var. Bularninki dardlarini shu madde qilib sunyapti. Bu keyin bir mezgildan keyin o'zgardi deb ishonman. Rahmat. Yana bir qarindishimiz telefon qilib turib, shuni men assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, so'z qilsangiz bo'ldi. Ben Türkiye'den Aziz Muhammed. Nazım'a Rahmeydan programını görüp çıdap oturup bulanmayı telefon kıldım. Ben bugün erki malımınki bırak bir sözleyenlerini anladık. Ben malımınki sözleyen gaplerde hatalık yani bir neslerini bayqamadım. Ama telefon olan kıyırnaşlar hatta Hüseyin Tecelli Efendim size gideceğim şu hazır kılmış Türkiye'ninki başbakanı olan Erdoğan Efendimini bir ayıplaş, suçlaş bu adamını bir alıqı takip çıkarıp bir açığımızı çıkarılış maksıdan erkin malımız için şu temga söylep naydı mecbur kettinler. Hem de Türkiye'de yaşavatkanlarınki hazır ma Türkiye'nin hazır afalık göre bazı neslerini sözleş hukuku bulgan bilen bazı neslerini sözleş hukuku bulmaydı birinciden bu. İkinciden ben bir üzem magisterlik okuyatkan akademisyen okuyucu sütüm bilen magisterlikni tez okuyatımız okumakta tesken hem de erkin malımda işte okuyup netil izlenip Uygur'unki birden bir stratejiye doğrusu birden bir bilim adamı bu adam. Hem bu kişinin karşısına çıkıp ağzımızı kelgeni dememeyle kıyırlaşlar. Aval bir iki total kitabını okup bakıp çekimizden tane çıkarıp yakıp anıkin gap kılaydı. Benim başka sualım mı, başka devran gapım mı yok. Aval halkımızdan acımı çıkıp tiken sancı program böyle malum olgen. Bizim bu bir devran güllerimiz var.
malumdan bir apu sorayman. Bu to'g'risida kayfiyatiga ta'sir etib, bundan kim xalq uchun xizmat qiladigan bo'lsa, ishlar bo'lib qolsa, malumni bir chekinmasin deb, hurmatimni salomlarimni yetkazay deb telefon qildim. Mening gapim shu qadar. Rahmat, sizga rahmat. Erkin ma'lum, Rahmat. bunda aldirablam chekinib ketadigan odam emas. İnşallah. Bugün men mi kechirim so'rayman. Herhalde ma bugungi xabar va muloyiza nimamizda birinchi xabar shu Turkiya to'g'riliq chiqibdi ekan to'q. Bu gap shu Turkiyaning ishiga kirkitib qoldik. Men mi kechirim so'rayman. Hem aziz qarindoshlar, bizmi bu yerda men shaxsan Erkin ma'lumni undaq bir nim qilish maqsadida undaq so'ramadim, faqat qistash maqsadida. Chunki mushu programmani mayli Gollandiya istixboroti, mayli Yevropa istixboroti hammasi anglab enga oladi, ovoz oladi, uni nim qiladi. Masalan, o'tgangi bir tal programmamizni bizningki Sharq Turkiston surgun hukumat nima Ahmedcha Osmon bilan qilgan programmani Yaponiya hukumatidan rasmiy nimaga ilib, rasmiy tarjima qildirib, uni tadqiq qilib, undan keyin ba'zan bir masalalarni o'ttirg'i chiqarganligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni bu bizning programmalarimiz mandaqlam anlanib ketayotgan narsa emas. Ammo bugungi programmada shaxsan men Erkin ma'lumdan, doktorimiz, mutaxassisimizdan haqiqatan qalbimdan apu so'rayman. Endi bu telefon qilib Allah razı olsun, hiç kısı yok. Türkiye'de bir makal temsil var. Bir yigitin arkasında 40 adam kapışmasa o yigit bulamaydı der. Bununla oturup çıkmagandan keyin hem de müştak buludu hem de. Çünkü ört olsan hakla vurdu, yitip alsan hiç kimin çatırı bulmaydı. Oturup çıkandan keyin davanı dep oturup çıkandan keyin bu da hakla buludu. Yani ben de iğri almayman yani. Çık adam köydüm dedim vay be yani çık nimelerine, ahvallarına, vakalarına köydüm. Hiç kısı yok. Biz mi 98'de mi, Muş'unun mı kıyınçılık bir ahvalı kırgen. Şu vakti de mi Xitay ile Türkiye yakınlaşıvatkan vaxtıda. O vaxtıda tek resmi hüccet çıkargan Uygurlarını çekleş için faaliyetlerini. O günlerini mi ötep gitti? Ötep gitti diye yani. Hiç kısı yok. Devam kılaylarını. İnşallah. Yani bir qarindishimiz telefon qildi, so'zni anglabdilar. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Ben bir telefon qilgansizlarga men qaytib yana bir minut ishlab olib ketdi. Qisqa janob bir fikrini deb qo'ydi, men qaytib telefon qildim. Ammo hurmat ichida, sayg'i ichida bo'lsin qarindishim. Bo'lmasa men taqib o'taman. Zeynep efendi bugun men programdan seviyesi pek yomon tuvenchi kutib qoldi. Yana bir qarindishimiz telefon qildi, meni bir ishni qilgan odam chiqarib o'tdilar. Telefon qilib bo'lgandik. Bu telefon qilgan odamni bilmasanglar Hüseyin efendi, bunda qalaymi qalaylik, nim to'g'riliq gap qilmanglar bir narsani yo'qchu. Bu telefon qilgan odamning seviyesi, Erkin Akremning seviyesi, Erkin Akrem'in seviyesi üstün mü, yani Erkin Akrem efendimizin seviyesinin tüven mi, bunu sual cevap vergende oturuğa çıkıdı. Cevap veriş gerek, sual sorgan dinken. Bir yer telefon koyup sual sorgan adam mı? Belki bir tanesi bildiğinde bu adam okuganda, bu adamın diplomaları belki Erkin Akrem'in diplomasından çıktı. Bana bunu diken dikkat koyalım, bana bir-birimizin düşürmedi. Programın seviyesi pek çok gitti diken. Bo'ladi, rahmat. So'zingiz tugdimi? Rahmat sizga, Alloh razı olsun. Ba'zi tushib ketadi, ba'zi chiqadi. İnsanning bir qon besimi mi chiqadi, ba'zi tushadi degandek, mayli tushib ketgan bo'lsa, inshaalloh yana bir kun chiqamiz. Bugun yangi programma boshladik. Dastlabki boshlanishda shunday boshlanishi mumkin. Men Erkin Akrem efendimni 2007'den tatib tanıyman, bilaman inshaalloh. Ve esil bir xislatini bilaman, aziz qarindoshlar. Aslida oldida maqtamasak bo'ladi, ammo bugun biroz qarindoshlar qo'pol tegib qoldi. Erkin Akrem efendim intayin kichik piyil, mushundaq gap qilsam xapunmaydigan, apu qiladigan bir shaxs qarindishimiz. Ve bizning Uyg'urlarning ichidan chiqqan birdan bir mutaxassis. Hatta po'qini hurmat qilishimiz lozim. Hurmat bilan bo'lsa bo'ladi bu yerda. Hurmat bilan bo'lmasa televiziya assangli bo'ladi, ekran assangli bo'ladi. Muvaffaqiyatlik, güzel, seviyesi üstün programma ilip basanglar ne güzel, biz kollayımız yani. Şahsen her qitim men telefon qilgan vaqtimda Erkin efendimga bir programma qilsak degan vaqtimizda vaqti bo'lsam bo'ladi deydi.
Mayli boshqa programmalarda bo'lsin, boshqa TV'larda. Davomliq o'zining kech-kunduz vaqtini berayotgan bir shaxsni chiqib anda desang bo'lmaydi. Ma gapni manda xato qildim. Mandaq emas. Erkinka, doktorka, mening fikrim ma'vu, meningcha. Ma'vu sizning fikrlari ma'vu ekan, men qo'shalmayman deb to'xtab qolsak tugaydi, ammo manda desa bo'lmaydi, unda qilsa bo'lmaydi deb biz bir narsa o'tkazib qo'ygan emas. Masalan, mishagichi deb qo'ylayman. Erkinkamga so'zni bersam, men vaqtimiz asli to'shqanti. Hozir 7-8 qarindishimiz tang telefon qilyotdi. Mening kayfiyatim biroz buzildi. Erkinkamdan qanday qilib ko'ngillarni elib olamiz, endi men buni bilmadim. Yo'q, hech qisi yo'q. Men abay dedim-ku, ya'ni davom qilaylik programni. Hech qisi yo'q. Ya'ni yumurdan birini deb beraymi? Bo'ladi aziz qarindoshlar, telefonni endi o'sangli bo'ladi. 5-6 qarindishimiz yamancha urib ketdi abayning oyog'i. Men programmani oyoqlashtirishim lozim. Ya'ni asli hozir oyoqlashtirishimiz kerakdi. Hozirdan keyin Gulnar Imom xonim efendi bilan Norvegiyadagi shu qarindishimiz bilan bizning programmamiz bor bundan keyinda. Bundan keyin qo'shilishimiz. Ammo bu kayfiyatni biroz yaxshi ilib menish uchun yana 7 minut surib, naq 11dan 40 o'tganda 7 minut dedimmi? 8 minut. 11:20da to'xtataylik deb o'yladim, aziz do'stlar. Xo'sh. Turkiyaga mencha bir yil urib aqili inshaalloh. Turkiyaning dardini tushunamiz. Turkiya bo'lmoqmi bek tasbih davlatgan bu. Necha davlatning o'rtasida tang-pong o'ynamasi bo'lmaydi ekan. Eli do'st bo'ldi ekan, eli dushman bo'ldi ekan, ashundoq bir yerda ekan bu davlat. Ya'ni Turkiyadagi tashkilotlar umumyuzlik o'rnidan dast turib, HDP'ga kiramdi, CHP'ga kiramdi, MHP'ga kiramdi, AK Parti'ga kiramdi. Jiddiy bir harakatga o'tish ehtimoli bunga qanday qaraydi? Misali HDP'ga kirish ehtimoli bek töven deb o'ylayman. Chunki o Kürtlerning partisi ve ulama Uyg'urlarni bek xalab yetmaydi. Shu Urumchi voqeasi bo'lgan vaqtida ularningki partiyaningki raisimi shu Xitoyningki qilganligini tanqid qildi, ammo tanqid qilgan jarayonda Turkiyaningki hokimiyatiga tekkizib qilgan. Ve bu PKK bilan munosabati bor deb Turkiyada mustaq ko'z qarash bor. Shuningga Uyg'urlar uningga qitilib ketmaydi, ammo qolgan partiyalarga qitilishning ehtimoli bor. Men abay dedim, bu birinchi avlodlar biroz jon beqish lozim. Undan keyin qo'ldan kelgancha shu davoni qiladi. Ammo bu Turkiyada umdanlar shu siyosatda yetishib aqli bilan ish qildigan bunda bir odamlar ikkinchi avlodda paydo bo'lamiki deb o'ylayapman. Chunki har qanday bir ishni qilaman desa, uning ahli odami bo'lish lozim endi. Unda taqdirda birinchi avlodlar Xitoyningki ba'zi ta'sirisi bor, siyosiy hukmchetdan deyapmi. Bu ta'sirlikdan tufayli ba'zi narsalarni tushunib ketamaydi. Shuningga o'zininki hissiyoti bilan tushundi. Ama mantıqı bile, real bile düşünüş lazım bazı meselelerini. Ama bu ikinci evlatlar şunda düşünüp çoğun buludu deb o'ylag'ashqa men hamda. Ki bularni tabii Uyg'ur qilib yetiştirish lazım. Misal ana til ma'riflar yomon muhim bu yerda. Yani millatningki taqdirini belgilaydigan bir faoliyat bu hamda. Shuningga bu ikinci evlatni biz yaxshi yetishtirib, Turkiyaningki shu siyosiy sahnaga mushlarni iştirip muşlağa havu değişip sahneye çıkırış lazım. Davatımı ama birinci evlatlar da biraz kıyın da körüvatımı. Ama sılı degендek şu cemaat fikrini teşkil kıldığın cette teşkilatlarının ki hele bir tecrübesi var bunun. Ve bunun kılıvadı da. Fakat her işini kısamla önümlük buludu. Her işini kısamla netice alımen değil olmaydı. Olmasa bizim memleket alıkaçan azat olup giderdi. Allah razı olsun. Yani bir kardeşimiz
Telefon qıptı, sözünü anlap baqılı. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Ben bir soru soracağım. Hoş. Olur, avazınız var. Sorsam bana. Assalamu alaikum. Ben bulan Aleyküm- bir soru Aleykümselam. Hoş. Buyurun. Vatandaşlar 3 milyondan ortiq Uyghur jaza lageriga sunulib, it qirg'inchilikniki zarbisi duch kelyapti. Yani mening hozirgi o'ylaydiganim qayda qilib shu Sharqiy Turkiston 3 million Uyg'urni shu jazo lageridan qutuldirishniki bir yo'l ustida izlayapman butun kuchim bilan tashviqot qilish orqali podshohlik bosh ministrga tashqi ishlar ministri xat yozish, shuning oldida binoning parlament binosini namoyish qilish, Amsterdam dambayda namoyish qilish orqali seçilmiş kan teşkilatın bir faydası bulamıyor, ceza lageri bir takılış hayda kıysak ceza lageri takıyalardan ünümlü kusurunu kılalayımız. Çetelde Rahmet kılgan işler şu sılı digen işler. Yani halkıranın dikkatini tartış. Cemiyet fikrini yaratış. Şundakla aşı yaşavatkan devletinin ki matbuatlarını, meclisini, hükümetini tesir kıldırış. Bu namaş bir adamı buludu, 5 adamı buludu. Bazı nimede Washington DC'de kökentim ben bir Tibetlik 10 yıldan beri bir yalnız bir şıgaşına namaşlarını kılıp etipti. O 10 yıl kılıvatkan ki halklar hayran kaldı ki bu 10 yıl kandak ötkazdan digen vaktıda o Tibet'nin ki ahvalını düşendirdi. Üyedeki zulümlerini, üyedeki kıyınçılıklarını, üyedeki bu Tibetliklerinin ki turmuşlarının hemmisini dini isimlerine düşendirdi ki. Şunda kılıp şu Aksaray'ını şu ziyaret gelgen adam hemmisiga anlatkan buldu ki. Şunun bir adamın ki namaşımı naydı muyum. İkinciden çeteldeki teşkilatla tekimi güçlük bir faaliyetlerini kılış lazım. Halkara münasebetlerde özününki bir metotları, bir yolları var bununki. Şu başka bu hem metot bile hem mantıkı bile iş kılgan çağda netice ağıl buldu. Fakat bizde ondanla aşı seviyede yetişken adamlar az, sanı az. Eğer de köperek yetişken vaxtıda biz dünyanın hem yerine irşeleydik ama da bir ahvallar bulurdu. Başka devletlerine irşeleydik. Şunun hazırca şu çoğun devletlerge, çoğun halkara organlara isim edip kılıvatımız. Ama her bir Uygur koludun kelgenler kılış lazım. Çünkü çeteldeki faaliyet bile işçideki faaliyet okşamaydı. Çeteldeki faaliyetimiz yani halkaranı kozlandırış ve sırttan işçiye bizim işitiş. Çünkü biz Ankara'da kozulup ya ki Hollanda'da kozulup o vatanımızdan tutkuzamayız. Kozulduğun iş işçide bulundu. Şunun tişide biz abekasılık kılgan müşler namaşlarını devam kılış lazım. Uygurlar aslını kollaş lazım. Hem de teşkilatlarının ki faaliyetlerini kollaş lazım. Hiç katnaşmagan takdirde. O vakti de belki bir bisim, bir atmosfer yaratış mümkün. Hazır yaratılmadı. Bu vaziyetler yani Uygurlarga mas kelgen bir vaziyet yaratılmadı. Ama bu vaziyet degen narsa kilip kitadigan narsa. Şuңашqa buni qanday uzitimiz, qanday devam kıldırımız ve Xitoyga bo'lgan bisimni devamlı kılalaydigan bir mekanizmani qanday qilamiz? Hazır muşlarni o'ylash lazım deb o'ylayman. Allah razı olsun, rahmet. Qarindoshlarımızga ahirgi so'zlarini deb bəsli bulamı? Bugün bizimki yeni programmamız bo'lganlik uchun programmani misha to'xtatishga men majbur bo'laman. Alloh xolsa davomli xabar va mulohiza sahifamizning tunji soni shu. Ammo men intayin xijil bo'ldim. Ya gerek yok, xijil buluşunun gerek yok. Çünkü bu bir medya bo'lgandan keyin har qanday avazlar keladi hamda. Onunki bir nima ig'rib ketgan taqdirda o ish manmaydigan bo'lib qoladi. Şununla ahirki sözüm şu olsun. Evvel Allah bu dünyada kılamaydigan iş yok. Oylap yetemigen işler var. Şuңашqa anlık adam, sarxil adam, mantıklık adam, metot bildiğin adamlarga ihtiyaç var dava için. Şuңашqa şu bizden kinki yaşlar muşu cetten tırışsın, okuyduğunu okusun, kesipdar olsun, mütehassip olsun, ehli olsun. O vaxtıda onunki davanınki süpütü yükseldi. Yükselgen davanın bu süpütü yükselgen davaga nini güçler takabül turamaydı. Elbette.
Allah razı olsun, rahmet. Ma qarindishimizdan yana bir og'iz gap qolibdi ekan, shuni bir devetsem deydi Abdurimjon. Marhamat. Gapingizni anladım, rahmat. Hem de chet ellardagi bizniki bu davo ishlarimizda hani bu ziyolilarniki rolü hakikaten cho'ng. Masalan, gelmiş olduğumuz gapda Shandongdagi Xitoy demokratchilari, Xitoy ziyolilaridan bu qirg'inlikdan birlashib lozunglarni ko'tarib shu Sharq Turkistondagi shu jazolarga taqash Uyg'urlar erkinlik berish to'g'risida bir namoyishlarni qildi, bayonot e'lon qildi. Lekin bizdagi Uyg'ur ziyolilardan faqat bir kollektiv shaklda bunday o'tirg'i chiqadigan millatniki bir beşik qilgan o'tirg'i sakrab chiqadigan bunday bir fidokorlik jasoratlar bo'lmayotdi. Hamsi dunyo Uyg'ur qurultayiniki muavir rais, chet el ko'z ko'ringan bir siyosiy ham bir strategiya mutaxassis ham Turkiya Müslümanga hurmatimiz yüzümüz cho'ng. Aslında shunda siz bir oldinlarga chiqib bir xalqni qo'zg'atadigan umumiylik, bu ziyolilarning burchini ado qiladigan bu ishlarni bir o'zimizdan boshlab umum xalqni bir jakolaydigan yana bir tashkilot ishlarni o'tirtirib chiqargan ishlar bo'lishi qanday qaraysiz? Bir amaliy unum bo'ladimi? Hamda ziyolilar bir qo'zg'alib bir chiqsa, biz ziyolilar qo'zg'alib chiqib kelsangiz o'tirga boshlamchilar guvohlik berdigan işte bayonot e'lon qildigan ishlarga tashkillaydigan ishlarga qolib qolsa, ani boshqalarmi tam yetaklamadi ham, lekin bizning bu ziyolilarimiz bu ishda aktiv bo'lmayapti. Buni qanday qaraysiz? Siz bir o'zingiz o'qigan bir ziyoli ham qurultaydagi muavir rais bo'lish fikringizda mushtarak. Rahmat sizlarga, Allah razı olsun. Xo'sh. Endi ziyoli ismiga loyiq bular ilm bilan shug'ullanadi. Ya'ni siyoset va siyosiy faoliyat bilan emas endi. Shuningga siyosatchilar, ya'ni siyosiyonlar faoliyat bilan shug'ullanadi. Bu siyosiy yoki siyosiyonlarga shu ziyolilar ularga yordam qilish lozim. Akıl fikir berish lozim, bilim berish lozim, yo'l ko'rsatish lozim. Ya'ni bunda degan vaqtida mezzetçilik rolünü icra kılış lazım. Çünkü bu ziyaliler oturup tatbik kılış lazım. Yani bu vaziyetini düşünüş için, terakkiyatını düşünüş için ve kelgüsünde neyim bulduğanlığını biliş için her gün en az diyende 16 saat bir derslerini okup, düşünüp, oylap, tefekkür kılışka mecbur. Çoğunlukla oturup çıkıp siyasi faaliyet kılan takdirde onunki okup düşündüğün, tefekkür kılgan vakti kalmaydı. Çünkü hemimiz özümüzdeki kesbi bile kısa. Siyasiyonlar siyaset bile şokunsa, ziyalılar ilim bilim bile şokunsa, yavaş bile, tömünçü bile. Hemimiz şu kesbimizni eğer de icra kılgan takdirde umumi bir millet diyen vaktide bir terakkiyatga erişeleyimiz deb men shuna o'ylayman de. Allah razı olsun. Doktor rahmet, bugungi programmamiz mishadi oyoqlasi deb o'ylayman. Men rahmat aytaman. Bu bugun bizning birinchi sonimiz. Alloh xolis kelgusi vaqtlarda yana sizlarni davomli taklif qilaman. Chiqmayman desam unutmaymiz. Keyingi qaytadigan yo'limiz taqotildi, yo'q. İnşallah. Bu ishga 16 yaşdan başlap berdim. Xo'sh. Davalı bulduğum olsa hemsini qilamiz yani. İnşallah. Şu abay qarindishimizning gapiga men mo tabassum qildim, ya'ni erkinkamni yenib ketmasin deb destek olay deb gul tutish uchun telefon qildim dedi, to'g'ri. Balkim ba'zi kalimalarni xato ishlatib qolgan bo'lishi mumkin. Ham sizlardek shaxslarning keyniga ketishi hamda onu hem de çok gözümüz görmeydi yani. Ben dedim yani ben cık kögendim. Yani ben hatta 3 sahada okudum. Yani bazıları bir üniversitede tüytemeydi. Şuna koyun. Şunun da o tarihte mi cık köydük. Bugün biz eğer de misal yaşavatkan şu cihanda eğer de 10 adamla 10 aşında hıntılı adam kögen olsam ben tarihte onun mınını gördüm de. 10 mınını görmem. Şunun da ben iğir almayım bununla. İçini ben yalnızlar. Bizimki keynede fikir kılışımızdaki sebebindeki birisimi nadanlıktan töpeyli. Bunu mənlə deməyə vatım. Məndən çoğunlama bunu diyen. İsa İstihap'taki mi bunu diyen. Bizimki Ahmet Can Kasım efendime notuklardı mı bunu deydi. Bundan evvelki bizimki münevverleme tolu deydi bu gebini. Şu başka biz bir taraftan şunda akardiş hareket bile, bir taraftan şu siyasi faaliyet bile davana kılıp ahire tutup çıkımız deb oylagan bir şahsı oğaşqa
ularni yig'ira olmayman. Chunki Türkçe'de bir gap bor, hamamga kirsang baribir talaysan deb. Taleymiz yani. Shu. Bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Oxirida yana Allah bir sizlardan razı olsun. yana Men bir qatim rahmat butun aytaman. qarindoshlardan kechirim so'rayman va erkin doktordan kechirim so'rayman. Programmalarimiz ba'zida andaq, ba'zi mandaq bo'lib qoldi. Ba'zan gaplarni xato ishlatib solamiz. Kecha ma programmani yasash uchun bir qancha kecha uxlamagan avvalda bo'ladi insonda. Ba'zi gaplarni xato deb tashlasak sizlar ham kechirib o'tinglar aziz qarindoshlar. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Bugungi xabar va mulohiza sahifamiz mushada oyoqlashsa va programmamizningki davomini Havaroyi Sharq Turkistondagi har qaysi viloyat shaharlarninki Havaroyi programmasini anglatish bilan davom qilamiz va uningdan keyin Gulnar Imom xonim bilan suhbatda bo'lamiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Hoşamsa. Allah'a Aziz emanet. görürmenler, tövende sizlerge Vətimiz Şarkı Türkistan'ın her qaysi vilayet şəhərindən təxmini hava rayından məlumat verimiz. Ürümçidən hava uçuq. Tövən temperatur 7-dən yuqur temperatura 16 Selsiya gradusqacha. Korluda hava uçuq, bəzi bulutluq. Tövən temperatur 13-dən yuqur temperatura 21 Selsiya gradusqacha. Atışda hava yağmurluq. Tövən temperatur 10-dən yuqur temperatura 15 Selsiya gradusqacha. Qashqarda hava yağmurluq. Tövən temperatur 12-dən yuqur temperatura 18 Selsiya gradusqacha. Xotanda hava yağmurluq. Tövən temperatur 12-dən yuqur temperatura 24 Selsiya gradusqacha. Olcida hava uçuq. Tövən temperatur 10-dən yuqur temperatura 25 Selsiya gradusqacha. Qarmayda hava uçuq. Tövən temperatur 5-dən yuqur temperatura 18 Selsiya gradusqacha. Çöçekdə hava uçuq. Tövən temperatur 6-dən yuqur temperatura 22 Selsiya gradusqacha. Altayda hava uçuq. Tövən temperatur 6-dən yuqur temperatura 22 Selsiya gradusqacha. Qumulda hava uçuq. Tövən temperatur 4-dən yuqur temperatura 25 Selsiya gradusqacha. Tumşuqda hava yağmurluq. Tövən temperatur 10-dən yuqur temperatura 22 Selsiya gradusqacha. Aksu'da hava yağmurluq. Tövən temperatur 9'dan yuqur temperatura 20 Selsiya gradusqacha. Vörtalada hava uçuq. Tövən temperaturu 5'dan yuqur temperatura 18 Selsiya gradusqacha. Turpanda hava uçuq. Tövən temperatur 16'dan yuqur temperatura 29 Selsiya gradusqacha. Sancıda hava uçuq. Tövən temperatur 2'dan yuqur temperatura 22 Selsiya gradusqacha. Qimmatli ko'ruvchilar, tövəndə Vətimiz Sharq Turkistanın har qaysi viloyat şəhərlərindən təxmini hava rayından məlumat ko'rdinglar. Kelar qatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Yuqorida Havaroyidan ma'lumot anglatgan bo'ldik. Endi biz yana bir mehmonimiz Gulnar Imom xonim bilan ana til to'g'risida suhbat elib boramiz. Hammaningki diqqati ekranimizda bo'lsin.
Assalomu alaykum Gülnar Hanım. Fikir Hanım'ız hoş geldiniz. Hoş buldum. Neçe vaqtdan beri bir qancha qitim programma qilishni o'ylashgan bo'lsaqmi, ammo vaqtimiz bugunga surilib keldi. Neçe vaqtdan beri qilayotgan xizmatlaringizni ko'rib turyapmiz, anglayapmiz. Allohning rahmati bilan ayollarimizning ichidan sizlardek nihoyat fidokor qarindoshlarimiz, hemşehrilerimiz chiqib nurg'un xizmatlarni ilib beryotidi. Sizni biz qisqacha tanib o'tsak, undan keyin suhbatga kirib ketsak deb o'ylayman. O'zingizni bir qisqacha tanishtiramsiz? Buldum. Alayda bir tercüme alım. Ben 9. vilayette tevlip çoğun buldum. Akıbette hesaplaşma buldum. Matip kesbede. Nopiye kelip yaşavat yıl buldu. Ama başka nurgulagan atalığa okşaş adli bir ana. İki oğlum var. 5 yaşında ve 9 yaşında. Özüm Norvegiýadagi Oslo şäherinde, paytaxt Oslo'daki bir ayalla ve balla teraqqiyat merkezinde Norveç dili okutquçusu bolup işleymen ve perzent terbiyesinde yetekçi bolup işleymen. Hem koşumca Oslo Uygur Ana Tili Mektebi'de ana tili okutquçusu bolup işleymen. Hem 2016 yıldan beri şu taş alma ana tili dershanesi arkalık vatan içi ve sırtıdaki ata-analarga ailelerin asaskan ana tili marifida yardımcı bolup kelyapman kolumdan kelişçe. Yani bu aile boyunca yardım qilib kelayotgan bu xizmatiniz Uyg'urlargami yoki boshqa millatlarmi? Perzent terbiyesi demekçi mi? İdaredeki hizmetim. Bu idaredeki hizmetimde iki hizmetim var asaslığı. Birisi köşmen ayarlarım Norveç dili dersi vermen. Norveç dili okutquçu bolup işleymen. Yani birisi bizim idaredeki bir tür bolup bu türde analarını asas kılımız hem de analarını analar bilen balla otursidiki bağını küçeytiş, sağlam boğan alaq kuruş, sağlam boğan perzent terbiyesi toğrusida yetekleyimiz, yetekçi bolumuz, məsləhətçi bolumuz. Yani o emde hemen milletdeki analarga verilgen bir xil kurs şekilde devam kılıdı. Yani bu psixologiya jihatdan, ma'naviy jihatdan bunga chetishlikmi bu xizmatiniz? Elbette, ama jihati chetishlik. Endi men özüm pedagog emas yoki balla psikologim emas, lekin bu bizning idoraning yangi boshlagan bir turi bo'lib, endi bu Norvegiyadagi yani balla ve teraqqiyat ministerligi deymiz. Shularning Ma'rif ministerligi bilan hamkorlashib, şu Norvegiyadagi chet elliklar, yani köşmen milletler arasida yaxshi bo'lgan perzent terbiyesini elip berishga uchun yangi boshlangan bir tür, bir xizmat. Norvegiyadagi perzent terbiyesi bilan shug'ullanadigan shu tadqiqot ip boradigan tadqiqotchilar uzun muddatdan beri elip borgan tadqiqotlarga asosan tayyorlagan kurs material tutturib bizni tarbiyalaydi endi. Biz yetekçi bulup terbiyelenip anandan keyin biz chet ellik ata-analarga yetekçi bulup hizmet qilamiz. Mening uni so'rashimda bizningki bugungi Uyg'ur jamiyatidagi bo'lib chet el muhojirlarninki ayollar bo'lsin, ayollik hayot bo'lsin, bu jihatda nurg'un qiyinchiliklarga duch kelayotganligimiz hammalarga ayon. Bu jihatlarda shunda xizmat qilish imkoniyatingiz bormi? Yani bugungi dunyoda to'rdan foydalanish orqali mana shundoq masalan internetten foydalanish orqali dars o'tkazib bo'ladigan yoki har qanday bir qilish tegishlik imkon bo'yicha qila oladigan ishlarimiz nihoyat ko'p. Shundoq holatda yani Uyg'urlarga nisbatan xizmat qilish ehtimolimiz bormi? Elbette, yani bu türmü mesela Norvegiyada nurgulgan mesela ammaviy teşkilatlarda mesela ma'lum bir millatdagi analarni bir to'p qilib berildi ba'zi bu kurs. Mesela bizning sinflarimizda o'qiyotgan mesela Norveç dili kursumuzda o'qiyotgan analarning ichida mesela Somali ayollar yoki mesela arab tilida so'zlashadigan analarning shunday kurs qatnashganlari bor. Yani bu
ma'lum bir davlatdan kelgan fuqarolar o'zlari uyushib qurgan ommaviy tashkilotlarning yetakchiligida shundoq kurslar uyushtirildi ham shu tilda so'zlaydigan yetakchilar kelib shundoq kurslarni qilib berdimdi. Shu jihatni aytib aytganda bizning buni Norvegiyadagi Uyg'ur ota-onalarga va yoki siz degandek to'g'rining vositalari bilan dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur ota-onalarga bu haqda o'rganganlarimizni o'rtoqlashsak albatta bo'ldi, yordamchi bo'lsak. Endi shu vaqtimizga, zehtimizga qaraymiz. Bizning vaqtimiz, imkoniyatlarimiz yor bersa, biz albatta u xizmatni qilamiz. Bundan bizmi xush bo'lamiz, o'rganganlarimizni o'z millatimizga yetkazaldik deb bundan albatta xush bo'lamiz. Ya'ni sizningcha mushundoq bir masalan men burun shuni o'ylagandim, bir danishmanlik deyli yoki turmush maslahatchisi deyli. Hayot ne tushundirib beradigan va yoki turmushni tushundirib beradigan er-ayollar o'rtasidagi munosabat masalalarida biz xalqimiz Uyg'urlar nihoyatda tuvan bir darajada ketyapmiz saviyada. Masalan biz cho'ng bo'lib to'y qildik, balla qildik. Ammo to'y qilishning nimaligi er-ayollik munosabat, er-ayollar o'rtasidagi so'zlashish, muomalat, do'stlik, muhabbat degandek mana shundoq narsalarda nihoyat tuvan bir ma'lumotimiz bor. Mana shundoq ya'ni bugungi psixologiya yani psixolog o'qiyotgan bir qancha qarindoshlarimiz ichkarong'a kelib shuni deyapti, Uyg'urlarning psixikasi buzilib ketdi deb. Shundoq masalalar kelgusida bir Uyg'ur ayollarga, Uyg'ur erlarga masalan bu jihatda bir xizmat qilish imkoniyati bo'ladimi? Chunki bek muhim xizmatlarning birisi tashlanib qoldi. To'g'ri deysiz, chunki beshimizga og'ir kulfatlar kelganligi uchun bizning psixikamiz buni ba'zi ko'tardi, ba'zi ko'tarmaydi. Biz bir azob bilan yashayapmiz. Endi bu tabiiyki bizning kundalik hayotimizga, turmushimizga jiq besimlarni olib keladi. Bizga qiyin keldi ko'p hollarda. Albatta bizning bu kurslarda o'qiydiganimiz ham o'zimiz mulozimat qilayotgan ko'chman ayollarga dars qilib o'tdirganlarimiz asosan ota-onalar o'rtasida munosabat bo'lmasin. Albatta bu ota-onalar o'rtasida munosabatni bolalarga ta'sir ko'rsatadi tabiiyki. Bizning so'zlaydiganlarimiz asosligi ota-onalar bilan bolalarning o'rtasida munosabat. Ya'ni bir bolaning sog'lom psixik safa bilan sog'lom ruhiy va jismoniy jihatlardan sog'lom, xo'shal-xo'ram o'sib yetilib, bir o'zini bir baxtli insonlardan his qilishida bolaning shu kichik yoshlardan boshlab ota-onalarning roli nihoyatda cho'ng bo'ladi. Endi biz asosliq shu bilimlarni o'rganamiz. Albatta bizning muajiratdagi bolalarimizni ruhiy dunyosida og'ir besimlar ba'zidir. Bu dardlarni biz cho'nglarni aran ko'taryapmiz, lekin bizning bolalarimizni buni yushirib qololmaymiz. Ham ularni anglayapti. Ularning bilganlari asl ma'nosini aytib aytganda bir bolalarning hayotida bo'lmaslik tegishli ishlar. Undaq azoblarni bir kichik bolaning psixikasini ko'tarmagan nihoyat tez amaliyotda. Shu jihatlardan albatta bizning qilgan nurg'un xizmatlarimiz bor. Ya'ni bizmi o'zimizning bilganlarimizni o'tirib qo'ysak, shu sohada o'qigan, ya'ni biz shaxsan men o'zimni hargizmi bir psixologiya penida yoki bolalar pedagogik yoki bolalar pedagogikasi va yoki bolalar psixologiyasi deymiz-ku. Shunda o'qigan kasb ehlilari bilan men hargizmi o'zimni solishtirolmayman, lekin agar biz shundoq fanlarda o'qiganlar yoki men yoki u degandek hammamiz o'zimizning bilganlarimizni oilaga yetkazsak, bu albatta hamma oila uchun bir manfaatli tiyim bo'ldi. Men ham buni nihoyatda qilishga zarur, qo'lga ilib darhol qilish kerak bo'lgan muhim xizmatlarning biri deb qarayman. Albatta bizning bugungi temamiz bu emas, ammo bek muhim bo'lgan bir kasbda xizmat qildi ekansiz. Bo'lib, Yevropa taraflarida bek muhim deb biladi bu masalalarni. Ya'ni psixik doktori bu yerda o'zingizning xabari bor. Odatdagi bir masala va hamma yerdan tepiladigan bir masala. Biz Yevropaga kelishdan burun bunda bir psixik doktori degan narsani bir jiq anglab boqmabdi ekanmiz. Bo'lib, vatanda unda bir gap yo'q psixik doktori deb. Faqat og'rib qolsa, fizik jihatdan yaralansa doktorga boramiz, bo'lmasa unda bir psixik alohida doktorga bormaymiz. Ammo bu yerga chiqqandan keyin butun shaxslarning bunda bir doktori bo'ldi ekan. Asli kasal emas ekan bular, ammo
inson psixikasining har zaman nimaga uchqab turadiganligini bildi ekan bular. Besim uchqab turganini bilib, shuni asta az bo'lsin tövaltish uchun psixik doktori degan bir nom bilan davolaydi ekan. Ama Uyg'urlarda bundaq narsa mavjud emas hozirgacha, mening bilishimcha. Shunga buni agar sizda shunday bir plan bo'lib qolsa, shaxsan men pek muhim deb qarayman va boshqalar ham shunday qaramdi. Bu masalada Uyg'ur qarindoshlik studiyasi maxsus programma o'rinlashtirib bersak bo'ladi. Ya'ni oilalarga, ota-onalarga psixik jihatda va yoki turmush maslahatchiligi masalasida er-ayollik bo'lsin, qiz-o'g'illarningki uylanish, yotliq bo'lish masalalari bo'lsin. Chunki muhojir hayotda yangi bir avlod yetishib chiqyapti. Ularni bizning bolalarimiz olab yetishib chiqyapti. Biz bilmaganligimiz uchun ularga biz o'rgatmayapmiz. Shunga sizning bu kasbingizni taraqqiy qildirmasak bo'lmaydigan muhim kasbkan demoqchiman. To'g'ri. Endi masalan bo'libmi men o'zimga munosabatlik bir ishni olib kelsam, masalan bizning beshimiz kelayotgan shu azob uqubatlarni, kulfatlarni bolalarga qanday tushuntirish. Masalan bolalarga ba'zi gaplarni undaq Xitoylar mundaq qildi deb bundoq yolg'onch depasa bolalarning ko'z oldiga noit qo'rqinchli bir manzillar keldi. Buni bir kichik bolaning masalan 6-7 yosh, 7-8-9 yoshli bolalar masalan buningga har xil inkos qaytarib, masalan bolalar uxlayolmaydigan bo'lib qolgan. Masalan mening bolam tüyoksiz bir savollarni so'raydi masalan. Nayt ko'ngillik bir faoliyat qo'yibmi, biz nima uchun vatanga borolmaymiz, lekin nima uchun biz bovam-momamni ko'rolmaymiz degandek. Mana shularmi shu bolalarning bolalar nayt ta'sir bo'lganligi buning bir ig'ir savollar amaliyoti bovam-momasini ko'rolmaslik yoki bir telefonda ko'risholmaslik degandek. Mana shu masalalarda ota-onalar agar bolalar bilan qanday aloqa qurish, bu masalani bolalarga qanday tushuntirish, ham mushtaq bir ig'irchilik ichida bolalarning qaysar xarakterini qanday yetildirish, ya'ni bolalarning psixikasini asos qilib turib, shu yoki bilimlarga, prinsiplarga hurmat qilgan asosda, xilop qilgan asosda bolalarning psixikalarini ig'ir zarbalardan, hujumlardan asrab qilish uchun mesela ota-onalar shu haqda munosabatli bilimlarni egasi, bu albatta nihoyat yaxshi bo'ldi hammamiz uchun. Shuningdek bo'lsa siz o'zingiz dedingiz, masalan, mushaq suhbatlar bo'lsa, kasb ehlilari maslahatlarni berib bilimlerini o'rtoqlashsa, men buning uchun shaxsan men bir ota-ona men nihoyat xush bo'lman. Bu bizningki rahmat shunda deganingizga, ya'ni bugun bo'libmi Yevropa tavasidagi Uyg'urlarning bolalari nihoyat jiddiy bir psixik stressga, jiddiylashishga duch keldi ekan bu yerda. Chunki bu yerdagi bir sotsial hayot, cho'nglarning yo'qligi, undan keyin havoning nacharligi, undan keyin bir qancha masalalar birlashib bolalarga jiq ta'sir qildi ekan. Biz buni farzandlarimizda ko'rdik ekanmiz. Shun bundaq bir ishninki butun dunyo miqyosida, ya'ni men bugungacha ko'rmadim, ya'ni Uyg'ur bolalarni tarbiyalaydigan, ya'ni psixologik tarafdan bo'lsin, ya'ni qanday yashashni o'rgatish tarafdan bo'lsin, ideaviy tarafdan bo'lsin, bundaq bir ya'ni Uyg'urlarning maxsus yerini men ko'rmadim. Faqatlam chet elda ichilayotgan ona til maktablarida shu til o'rgatish, bu vakaza bo'ladi, ammo hozir siz bilan men deyishayotgan bu tema yo'q o'rtada. Shundaqmi? Yoki bormi bir ayat ko'rdingizmi? Endi men shaxsan ko'rmadim, balki bor bo'lishi mumkin, lekin maktablarda shaxsan men ham Oslo Uyg'ur maktabida, ana til maktabida dars beraman. Bolalarga til o'rgatamiz, dinini o'rgatamiz, madaniyatimizni tanishtiramiz, tariximizni so'zlaymiz degandek, bolalarning til hozirligi mas bir shaklda. Endi shuningdan shu vatanda bo'layotgan azoblar tabiiyki bir tiym bo'lib o'tirib chiqadi. Shu chog'da bir xil ehtiyotchan bo'lmak bolalarga yetkazishda. Bir xil bolalarda bir xil qo'rqinish shakllanmaydigan iboralarni ishlatib, gap so'zlarni ishlatganda, so'zlarni tanlaganda, shundoq bir narsalarni so'zlab turgan kunlari darslarni oxirgi chuqur bir ko'ngillik o'yinlarni o'rlashtirma degandek. Ya'ni bolalarning texnik yetilmagan nurg'un ishlarni tushunmaydigan, bu ojiz psixikasi ig'ir kelib qolmasin deb nihoyat ehtiyot qilma. Demakchi siz degandek, endi bu shaxta balki bizning o'rganganlarimiz haqiqatan nurg'un. Shundoq. Ya'ni hozir bugungi kunda masalan Gollandiyada bor ona til maktablari, ya'ni kurs deymiz, derneklar, vaqflarniki.
Şahsen ben bu yerde 1-2 yıl ders öttüm. Ondan başka Türk mescitlerde Türk ballağa, Arap ballağa ders ötüme. Benim hayatım bu şu küçük ballağı bilen meşgul bolaş boludu. Ama biz bu ballağının işini hakikaten kolumuzga ilip tutmadık mesela. Şu Kur'an öğütüş, til öğütüş, milletinin tarihini anca munca öğütüş degендek meselelerde ama ma chet ellikler, Avrupa'dakiler bunu kolga aldı. Mesela bu cihetine dikkat kıldı. Şunun için mesela Gollandiyada o'qituvchi krizisi var. O'qituvchi topolmaydi bular. Hatta o'tgan qatimliq anlagan qabrimda 10 ming o'qituvchi lozim ekan Gollandiyaga. Bu xizmatning ta'sirligi, bu xizmatninki oddiy xizmat emasligi, bu xizmat qildiganlarninki ozligi tufayli va davlatda nihoyatda muhim bo'lgan bir organ ekan bu o'quv o'qitish masalasi. Biz hamda uni qo'shimcha shaklda u yerda ancha muncha taraqqiy qildiryapmiz. Xo'sh, Yevropa ma'rifi yoki Norvegiya ma'rifi bilan Uyg'ur ma'rifidagi farqni biroz deb bakamsiz? Endi bu nayt bir cho'ng tema. Bizning endi muajiratdagi milliy ma'rifimiz deylik. Milliy ma'rif vatanda vayron qilindi. Muajiratdagi Uyg'urlar endi shuni barpo qilish uchun, rivojlantirish uchun kuchayotir. Endi boshliq bu xizmatni desakmi bo'ldi, meningcha bo'lganda. Endi Norvegiya ma'rifi boshlangan nayt uzun bo'lgan, taraqqiy qilgan, sistemlashgan, nayt mukammallashgan desakmi bo'ldi bir ma'rif deb qarayman. Norvegiya ma'rifining eng asosiy nuqtalarini endi mening o'zimning 2 o'g'limning yasli va maktab ma'rifidan yig'inchaqlasam, meningcha bo'lganda Norvegiya ma'rifi bolalarni birinchi o'rin qo'ydi. Albatta bu yerda bolalarni birinchi o'rin qo'ydi deganimiz hamma bolalarga siz bir muhim inson, sizni biz ko'ramiz, ehtiyojlaringizni ko'ramiz. Biz sizni qandaqdir bir bilim egallatish uchun bu yerga yig'ilmaymiz, yaslilarga, maktablarga. Yasli maktab oldi bilan bir nayt ko'p do'stlar bor, nayt ko'ngillik bir hayot bor, bir sorun. Bu yerda har bir bola o'xshash bir qadr qimmatga ega. Ya'ni bu yerda masalan biz kichik vaqtlarimizda beshimizni o'tkazgandek darsda yaxshi bolalar azizlanib, yaxshi emas bolalar chat boshqalarning nazar tushmaydigan undaq bir ishlar mavjud emas. Ammo bolalar bir bola bo'lganlik uchun, bir inson bo'lganlik uchun qadrli. Hargizmi darsni yaxshi o'qiganlik uchun va yoki ifodasi yaxshi bo'lganlik uchun qadrli. Sen darsni yaxshi o'qimaysanki, shuncha uningdek qadrli emas yoki muhim emas deydigan ishlar mavjud emas. Ma'rifda bilim yetkazishdimi? Masalan, eng oldida mangan bir turkum bolalarning o'zib chiqishini unchola bek muhim deb qarab ketmaydi. Aksicha, hamma bolalarning o'z ehtiyojiga moslashgan bir ma'rif bilan bilim elishini eng muhim o'rin qo'ydi. Shunga masalan, sog'lom bolalar bo'lsin va yoki alayda bir ehtiyoji bor, jismoniy va ruhiy jihatdan bo'lsin, hamma bolalarning ehtiyojiga qarab turib o'qitish programmalarini tayyorlaydi. Undan boshqa maktablarda masalan bilim yetkazish deymiz. Fanniy bilim yetkazishmi pek muhim. Lekin bundan sirt masalan güzel adab axloqlarni o'zida yetildirgan fazilatli insonlarni tarbiyalashni pek muhim nuqta deb qaraydi. Men shunday hisob deb his qildim Norvegiya ma'rifini. Mayli yasida bo'lsin, mayli boshlang'ich o'tir maktabda bo'lsin, fazilat tarbiyasi pek muhim o'rin turdi. Buni masalan tuzilgan kitoblardagi mazmunlarda his qildi odam. Endi maktabga har qaysi fanlarga yondosh qilib qiladigan proyektlar bo'ldi, har xil turlarni ishlaydi maktabda bolalar kichigidan boshlab. Shulardan his qildi. Bular bir xil o'zaro ko'ngil bo'ldigan, mehr-muhabbatni muhim deb bildigan, go'zal bir dunyo barpo qilgan fazilatli insonlarni tarbiyalab chiqishni maktab ma'rifida bolalarga fanniy bilimlarni o'rgatish bilan teng muhim o'rin qo'ydi. Balkim bu nurg'ulg'an g'arb davlatlarida bir umumiy ahvol bo'lishi mumkin. Bu shaxsan mening his qilganim. Albatta bu Gollandiyada mashinanga yan düşüdü yani, shunga o'xshagan bir shaklda. Xo'sh, endi biroz o'zimizning temasiga kelsak, sizningki qilayotgan xizmatlaringizni ancha-muncha ko'rib turyapmiz, bilib turyapmiz.
ayollarımızın içinden bir kısım fedakar ayollar çıkıvatıdı. Hemmisinin isimlerini sanap olamayman. Xo'sh, siz hozir qilayotgan xizmatingizdan biroz ma'lumot bersangiz, shuni qarta keyin suhbatga kirsak. Başta deganimdek men bir Uyg'ur onaman. Uyg'ur ona bo'lgan ekanman. Men endi shu vatandan yiroq yurtda tug'ilib cho'ng bo'lgan ikki bolamni boshqa ota-onalarga o'xshash qanday qilsak Uyg'ur qilamiz deb shu vaqt izlandik. Cho'ng o'g'lim hozir 9 yoshga kirdi. Cho'ng o'g'lim kichik vaqtlarida 2-3 yosh vaqtlarida yangi tili chiqdi, hamda so'zlashga boshlaydi deymiz. Shu vaqtlardan boshlab shu to'rlardan shundoq chiq materiallarni izlaydim. İzlagan vaqtimda materiallarni topolmay, nayt bir xil jiyilib qolatdim. O'ylaydim, bizda bolalarga Uyg'urchalarni yaxshi o'rgatayotgan ota-onalar jiq, lekin biz ashtamda o'rtoqlashmaymiz ekanda deb o'ylab qolatdim shu chog'larda. Keyin yana bir farzandlik bo'ldik. Shu orliqlarda undidorlarda ancha-muncha bir xil sohalarda dars o'tadiganlar borliq keldi. Xo'sh. Men endi undidorlarni ayni chog'da men kechikib ishlatib ekanman. Boshda yangi chiqqan vaqtlarda men ishlatmagan. Uydagilar bilan telefonlarda ko'rishib qolgan ekan. Keyin shu jarayonda bir necha iznishchan onlar bilan tanishdik, o'zaro fikr almashtirdik. Dastlabda 2016-yili qishlarda deyman, biz bir undidorda bir to'p qurib, bir o'zaro bir tajriba almashtirgan bir to'p qurdik. Şu yerda anlar, muaciratdagi anlar bor, uning vatan ichidagi anlar bor. Vatan ichidagilarni xil jiqdi. Chunki vatanda ana til ma'rifi yo'q qilingandan keyin shu chog'lardan boshlab shu oilalarda ana til ma'rifini biz o'zimiz ota-onalar asos kuch bo'lib bolalarimizga qanday ilib borsak bo'lib deb shu vaqt izlanadigan, o'rganishni xohlaydigan onalar shunaq chiqdi. O topda tecrübelerini ortaklaşaydı deb kurulğunumuz bilen başkalar anca ortaklaşmaganlık üçün, to'liq shu men ortaklaşıp qalganligim üçün o top bir dersxandek bo'lib qoldi demdik. Keyin endi bu mazmunlarni men boshqa narsa so'zimdim, men faqat o'zimning beshini o'tkazganlarimni, o'g'limga ana til tarbiyasini qanday ib bag'inimni, bu jarayondagi erishganlarim va o'zim bundoq qilmasam bo'lib kelsin, bundoq qilsam texim yaxshi bo'larkan deb shunday bir xuloslaganlarimni, ham shu jarayondagi onliq his tuyg'ularimni o'rtoqlashdim. Faqat bular bir xil bek ilmiy tusamgan, lekin bir nisbatan qo'llanishchan deb o'yladim men boshqalar manfaatli bo'lganini his qildim. Shundan keyin takliflar keldi, shu to'p bir davomlashsa, bo'lsa bu darslar bir sistemalik bir bayon bundoq yetkazilsa deb. Qilgandan keyin biz ham demakchimi bizning oramizda shu chog'larda ashtaqa darsxonalarni qurganlar yo'qdi. Shundan bilan men garchimda pedagog bo'lmasammi, endi rasmiy yo'sinda mushtaq darslarni, sifatli darslarni o'tadiganlar chiqqicha, biz qanday bo'lsin shu qo'limizdan kelishicha qilib tursak bo'ldi degan maqsadda Taş Alma deb ismini birini qo'yib, shu Taş Alma ana til darsxonasi deb shuni undidorda o'tdik. Endi o darslar asosiga ikki cho'ng mazmunga ayrildi. Biri tug'ilgandan maktab yoshigacha, ya'ni 6-7 yoshgacha bo'lgan oiladagi ana til tarbiyasi, ya'ni bolalarning til taraqqiyotini qanday qilib suramiz. Ya'ni hayotimizda bir cho'ng boshqa til bizni boshqarayotgan bir sharoitda, masalan, bizning hayotimizda Norvegiya tili bor, vatandagilarning hayotida Xitoy tili bor degandek. Bu bir cho'ng mazmunda yosh bosqichlariga bo'lib so'zildik. Mushaq tadqiqotlarning nazariy bilimlarini yetkazib tirishdik, ham uni o'z turmushimizga, o'zimizning Uyg'urchimizga tadbiqladik. Buni nisbatan bir qo'llanishchan shaklda yetkazishga tirishdik. Biraz keyingi dacıvrak sözlüsünüz optika. Oyunlar deymiz, naqşı qo'shoqlar deymiz, materiallarni qo'limizdan kelishicha tayyorladik. İkinci cho'ng mazmunimizda bolalar maktab yoshiga yetgandan keyingi savad chiqarish. Endi shu bolalar maktabga kirdi, kirgandan keyin boshqa bir tilda o'qib yozishni o'rganadi. Andan keyin bizmi o'zimizning ana tilimizda o'qib yozishni bolalarga o'rgatamiz. Bunu qandaq ibbarimizni savad chiqarishdan burungi tayyorlik va savad chiqarish va savad chiqarishdan keyingi o'rganish haqida qisqacha to'xtaldik. Ammo shu jarayonda o'zimning o'g'limning savadni chiqarish jarayonini asos qilib turib materiallarni tayyorladim,
Aslida ballarımga işletkenimi qildim, yengidimmi tuzdim. Qilib shu materiallarni ham PDF şekilde ta'minladim. Ayni chog'da undidorki darsxonalarimizda odam shundoq to'shib ketadi. Chet eldagilardan vatan ichidagi onalarning qizg'inligi bek yuqurdi. Hatto u darsdan onalarga o'tatdik. Hatto otalardanmi ashtaq iltimoslar keladi. Otalarga ashtaq sizlarni olsanglar deb. Keyingi qarorliq darsxonalarimizda onalar demadik, onalarimiz kirib anglagan darsxonlar bo'ldi degandek. Keyin undidorlar to'xtagandan keyin WhatsApp'da 2 qaror darsxona qurdim. WhatsApp'da odam oz bo'lgan, 200 necha odam bo'lgan kun daqchiq otalar qatnashmay qolgan. Shuning bilan bu da bu ilib berimiz nashrdan chiqdi rost. Ilib berimiz chiqqandan keyin hamda bu ilib berni bir qo'llanish ota-onalar bo'lsin va yoki maktablarda bo'lsin qo'llanma sifatida. Bu ilib berni qanday qo'llanamiz? Bu dars o'tish qo'llanma sifatida bir dars qilib o'tib beraylik deyapmiz. Hamda burun to'pladik odam soni bek cheklik bo'lib qolganligi uchun hamda biz tosh olma deb o'zimizning to'r betimizni yasadik. Shu to'r betimizda hamda biz shu xizmatlarimizni davom qilamiz hamda. Shuna bo'lganda odam soni cheklanmaydi, kim kirib bu yerda darslarning ün nusxasi deymiz, sin nusxasi deymiz, yozma materiallar, har xil mashqlar degandek ham materiallarimiz shu yerga qo'yildi. Shu xizmatlarimizni shu yerda davom qilamiz deb niyat qilyapmiz inshaalloh. To'r betingizningki ismini deb beramsiz, qarindoshlar foydalansin. Taş alma yani Latince, Uyghur tilining Latince yazilishi bilan tashalma.com deb kirsa, shu to'r betimiz darsxonamizda. Yani balla ma'rifiga munosabatlik darslar so'zlandi shunami? U yerda ona til ma'rifi. Ana til ma'rifi. Endi ma taş alma deganimiz asosligi oilalarni asos qilgan ona til ma'rifiga yordamchi bo'lish uchun qurilgan. Hem yetkizayotgan mazmunlarni asosiy jihatdan shuni maqsad qildi. Chunki biz Uyg'urlar men boshdan oxir shundoq deb o'ylayman, chunki Uyg'urlar bugun bek tarqoq. Masalan, cho'ngroq shaharlarda, markazimizda usullarda Uyg'urlar jiq degan bilan, masalan, Norvegiyaning boshqa jiroq shaharlarida, masalan, bir shaharda 2-3 Uyg'ur yashaydigan. Yoki bo'lmasa, shu ilib-bani yetkazib berish jarayonidami zakazlar keladi, men his qildim. Nurg'un chet yerlarda masalan bir shaharda, bir rayonda bir Uyg'ur o'ltiraqlashgan ashtaq oilalar shuna jiqkan. Shu mandan elib aytganda bizning ayliqi bu chet eldagi ona til ma'rifini biz ayliqi Uyg'ur ona til maktablaridan iborat bu bir xil shaklda emas. Bu ota-onalarning o'zini ona til o'qituvchilar qilib tarbiyalashi bek muhim deb o'ylayman. Mushaqqa savodli bilimlarni egallashi. Yana ham ana til degan oilada o'rganadigan til asosligi. Ya'ni Allah tug'ilgandan boshlab o'rganadigan til. Hargizmi bola ma'lum yosh 4 yosh 5 yosh kirganda anandan keyin bu bolani ana til maktabga olib borsa, ana til muallim haftada 3 soat kirib shu 3 soat o'rgatib qo'ya oladigan til emas. Ya'ni bu chet eldagi ana til ma'rifimizda yaxshi bir unumni qo'lga keltirish oiladagi tarbiyaning qanday bo'lishi bilan bek cho'ng darajada munosabat. Ya'ni ota-onalarning o'ynaydigan roli bek cho'ng. Şuna hamda şu taş almanı asosiy birinchidan o'zimning tajribalarim bo'lganligi uchun oilada bolalarim o'yitish jarayoni to'plagan. Yana birisi men shundoq oilalardagi ona til ma'rifini jonlantirish bek muhim deb qaraganligim uchun shu darsxonalarni shundoq yetkazib keldik. Albatta bu darsxonamizga mazmunlardan bu ona til maktablaridagi o'qituvchilarmi foydalana oladi mashqlarimizdan, yasayotgan materiallarimizdan degandekchi. Qisqalarımız nayt çeklik. Lekin nim deymiz planlarımız jiq. Lekin odam kuchi deymiz, mablag' deymiz, vaqt, zehnlarimiz shu yetishcha qilyapmiz birdan. Albatta. Ya'ni bu jihatda masalan bizning bir plan loyihamiz bor. Uyg'ur qarindoshlik studiyasining. Havoda Uyg'ur mahallasi qurib chiqish deydigan. Çünkü emmeyle her devlette çeçilip kettik. Norvegiyadan başlaq, Gollandiyadan şundaq Uyg'urlarga ait tarqaq, jiroq yaşaymiz. Ama ekranını assaqlam, yançuqumuzdaki telefonning ekranini shundaqla assaq bir-birimizni ko'ralaydigan va
sözümüzni anlayalaydigan ve dersimizni ötəlaydigan, bir narsa öyrənəlaydigan bir şərait Allah'ın rahmeti bilen ba emmeylende. Şuna eğer bundan doğru faydalanadigan bolsak internet dünyasıdan, aynı zamanda bizim o Şarkı Türkistan'daki kırındaşlarımız bilen dini davetler oldu, nurgun insanlar bunun paydasını aldı mesela. Hazırның özü de Xitay şunun qoqqanlık için bütün teşviqat nemesini takip etti mesela. Çünkü halkımızını bu vasıta bilen qozg'itish ihtimalimiz mı var idi mesela. Şoň chet eldeki Uygurlarni qozgaş, chet eldeki Uygurlarni terbiyeleş xulasida. Chet eldeki ballarımızı, farzandlarimizni terbiyeleşte mence internetten ibaret bu vasıtını qat'iy salçaqlashga bo'lmaydi. Bo'labmi jallı yani naq meydan ders o'tsangiz mence inşallah yana nurgun. Yani aşı vatandagi qarindoshlarimiz nim qilgandek holatni shakllantirolmasak mi ama yana bir o'zimizning ma'lum darajada maqsadimizga yetalaymiz deb o'ylayman. Bu fikriniz ben bütünlüğe qetilmə. Yani tor, ekran ögünüşümüzün yaxşı vasıtası bolalaydı. Qoral sübutida əlbəttə faydalanayımız. Məsələn, bu şunun misalı sübutida mən ballar üçün qığalarımızdan məsələn Uygur adaşlar top edip WhatsApp'ta bir top kurulgan. Balhasal Uygur tilim dep hazır Hadice Abdülaziz dep bir kısmımız var. YouTube'da bir kanalını açkan. Anan keyin ana til televiziyası yoxluqdan barlıq geldi. Nurgulluğan sərrifli numurlarını orulap ballar sunuldu. Ana til televiziyası sizlərning mi? Ben anca-munca öz gücümle çıkıp geldim. Asasığı Germaniya Rida akımız baş bulup şu fikrini oturup koyup köp ecirler bilen ballarımız için şundak bir televiziya kanalını yoxluqdan barlıq keldirdi. Bu yerden alaydı, rahmetlerim var, teşekkürlerim var. Ondan başka mesela Yaponiyadaki işki ösmür balımız YouTube'da ballarga kategoriyalar boyunca sözlerini üretadigan mesela videolarını koyuvatıdı opsiyon yardımıyla. Yana Germaniyada, Türkiye'de, Amerika'da yaşaydigan bir neçe anlar toplanıp kurup farzand terbiyesi hakkındaki kitaplarını tercüme kılıp okuvatıdı Instagram'da, YouTube'larda. Dünyavi nadir ballar resimli kitaplarını videolu kılıp okuvatıdı. Ballarımızın qoşaqlarını okuvat degandek. Ama şundaq ekranlarning hakikaten ballarga iliqi şundaq bir ögünüşni canlandırdı hakikaten. Endi şu qivatqanlarımız bir başlanışı. Endi teximiz sarxil qila alsak buningda iliqi yaxshi boshlandi. Endi ballarga teximiz sifatlik programmalarni, ögünüş sorunlarini hazırlash uchun pedagoglar, muzikantlar, shoirlar, mesela ssenariy yoza oladiganlar dramalarni qilish kerak. Muzikantlar müzik işlep beriş gerek, şairler tekst yazıp beriş gerek, nakşçılar nakştan it beriş gerek degandek. Her sahadaki şu okuganlar aldırmagan güçler bunu güç katalıysa, texim süpetlik aşağıdaki programmalarını çıkarlı, ballarga sunğulu boldu. Yani buna hakikaten bek paydası buladı ballarning ana tili öğrenişiyle. Elbette. Yani bunu da ben bütün gücüm bilen kollayım ve bizimki stüdyo bütün gücümüz bilen kollayımız. Burun bir ballar programımız başlatkan biz ama vakitte yetişemeye kaldık. Ayağı devam kılamaya kaldı. Bunun dinkini inşallah biz bunun da güç katışını kallayımız ve şu ana til televiziyasının qarindoshlarımızga men rahmetimni bildiraman. Mana shundoq ballar uchun bek bir narsa kamchil bizda-chu. Bir narsa bek kamchil aslida to'shaq bo'lish kerak. Har yerda chechilib turish kerak ballarninki programmalari. Ammo qo'llashga jiq erishilmagandan keyin nurg'un programmalarni qilib bo'lolmaydi ekanmiz. Sizning qo'lingizda, yiningizda bormi ana til darslik kitobi? İlipbe hazır yanımda yok. Mektepte. Antik mektepte. Mektemizde. Çünkü onun bir ilanını kılıp alattığınızda ama biz vakitine yetişmegenlik tüpeyle siz bilen biz paranlaşamadık gepning ochiqi. Ondan başka torbitingizningki nimasi bo'ldi? Alloh xolis bütün qarindoshlarimizni hemşehrimizning torbiti Taş Alma Chikit.com'ga kirib ziyorat qilishini, u yerdan foydalanishini umid qilaman. Ondan başka xizmatlaringiz-chu? Yani bo'lsa buni davasak, undan keyin men boshqa savollarim bor, shuni so'rayman.
Mening qilayotganlarim hozircha mushunchalik. Endi biz albatta ko'p xizmatlarni qilishni xohlaymiz, lekin nima deymiz? Men endi yoki men ashtaqmi yoki bo'lmasa boshqalardimi bormi bu xil ahvol. Endi hammamizning bir oilamiz bor. Onaning oilada yuki ig'irroq bo'ldi. Kuniga 8 soat ishlaymiz. Kichik bolalarimiz bor degandek. Endi shu ishlarni shu oilamizdan, xizmatlarimizdan, bolalarimizdan ishinib chiqarib, vaqtlarni chiqarib qilgan gap endi. Endi bu xil fidokorlikni shundoq voyaga yetkazib, texmi ko'p kuch, zehn, vaqt chiqarib qilgimiz keldi. Lekin shu yor bermay qoldi sharoitlarimiz. Lekin tirishimiz endi davomli to'xtab qolmay, texim yaxshi qilishga, texim sifatli xizmatlarni qilish uchun albatta. Albatta. Sizningki bu hozirgi ochgan maktabinglar ona til maktabi Oslodimi? Norvegiyaning. Men ishlayotgan maktab Oslodagi Uyg'ur ana til maktabi. Bizning Oslo Uyg'ur ana til maktabi burunlardan bordi. 10 yil bo'ldi tarixi. Hamda bizning shu Norvegiyadagi vatanda o'z pedagog bo'lib ishlagan bizning cho'nglarimizning Abdusamat akam 10 yillar burunlar darslarni berib, qeydi sistemli bolalarni yig'ib ashta qildi. Keyin anadagin birdan boshqa ma'lumotlar degandek ashta dars berib davomlashib keldi. Orliqlarda uzilish bo'ldi degandek. Endi 2018 yili Norvegiya Uyg'ur komiteti 2018 yilning yil 5'ida 2018 yilni Uyg'ur ana tili yili qilib bekitib, ya'ni biz Norvegiyadagi Uyg'ur ana til ma'rifini mayli maktab shaklida va yoki oilalarni vasf qilish orqali jonlantirishni komitet xizmatlarida eng muhim o'rin qo'yib, haqiqatan buni ishga oshirdi. Ya'ni maktabimiz rasmiy yo'sinda Oslo Uyg'ur ana til maktabi deb qurildi. 3 sinf bo'ldik, 3 muallim bo'ldik. Muallimlarimiz maoshliq ishlaydi hozir. Maktabning rasxodlarini Osloda Uyg'ur islom madaniyat markazimiz bor, o'zimizning jamoamiz bor. Shu jamoa bütün rasxodlarini chiqirdi bolalarning degandek. Qilib biz endi bir sistemlashgan haqiqiy bir pedagogik prinsiplar asosida o'qitish unumini qo'lga keltirish uchun tirishib ishlaydigan bir maktabga aylandik desak bo'ldi. Endi bizmi bargan siri to'g'riliqqa yaqin mukammal bir maktab bo'lish uchun tirishyapmiz. Bu yerda nurg'un uchimizning hech qaysimiz pedagog emas, 3 yilimiz mushtaq bir pedagog demdik, hamda shu o'qituvchi. Pedagog. Texmi boshqa pedagoglarni akab tajribalarni yig'inchoqlab, xuloslab, bundan keyingi xizmatlarni kim yaxshi qilamiz, ya'ni yangi o'qituvchilarni tarbiyalaymiz, programmalarimizni texmi sarxil qilib hamma bolalarimizning ehtiyojiga moslashgan bir to'g'ri pedagogik programmada o'qitish olib boramiz deb tirishyapmiz. Ondan başqa Norvegiyada başqa shaharlarda ana til maktablar yo'qlikdan borliq keldi. 2018 yili haqiqatan bir mo'lsizlik yaxshi adamni so'yindirgidek yil bo'ldi deb qarayman men shaxsan. Hozir Norvegiyada Oslodan boshqa, masalan, Norvegiyaning cho'ng shaharlaridan Stavanger, Bergen deymiz, Sarpsborg deymiz, Moss, anatin Skien qatorliq 6 shaharda 6 Uyg'ur maktab bor. Demek Norvegiyada hozir 6 Uyg'ur maktabdan necha yuz bola har yakshanba yoki shanba kuni 3 soat, 4 soatdan ana til ma'rifi oldi. Unda o'zi Gollandiyada ishib ketibsizlar, Gollandiyada bizsi bor. Yani 5 yil ishib chiqadi. Shaxsan Oslo Uyg'ur ana til maktabiga tashkilot qaror edib, bosh bo'lib, iqtisod chiqarib, tashviq qilib ota-onalarning orasida tashkillab maktab rasmiy bir tashkiliy tuzumda sistemlashgan bir maktab bo'ldi deb o'ylayman. Albatta. Allah razı bo'lsin. Bular mislardek hemşehrilerimizningki, xonimlarningki kuch chiqarishi bek muhim bu jihatda farzandlarni tarbiyalashda. Ammo texmi kuchlansin, texmi taraqqiy qilsin deyman. Siz o'tganda Turkiyaga ziyorat qildingiz masalan, undan boshqa masalan biz bu programmani siz shu bir oy bo'lib qoldi herhalde. Planlamat qilib, bugun nisb bo'libdi. Yana Yevropada bo'lsin, boshqa shaharga borgansiz boshqa davlatlarga, Turkiyada bo'lsin,
bu yerdeki bu ana til mektepleri meselesi, balalarninki ma'rif meselesiga nisbatan kallangizda yumaloq bir nimani sızsaq, sizningcha bu biz to'g'ri bir yo'lda ketyapmiz balalarni tarbiyalashda, balalar ma'rifida, ana tilda yoki uningga tushmayapmiz yo tushyapmiz, bu jihatda biz bir ma'lumot bersangiz. Dunyodagi Uyg'ur ma'rif, balalar ma'rif. Bu bir yaxshi savol bo'ldi meningcha. Men hamda necha vaqtlardan beri Norvegiyadagi bolalar bilan uchrashmanda, atrofimizdagi Uyg'ur oilalarining bolalari bilan normal turmush aloqamizda va Uyg'ur ana til maktablarida. Yevropadagi boshqa davlatlardagi ancha-muncha sayohat jarayonlarida ko'rgan bo'ldik. Bu yil yozda Turkiyaga berib 2 oy turdim bolalarimni o'qitish uchun. Shu jarayonda o'g'lim cho'ng 2 yil o'g'lim shu Turkiyada Istanbulda ana til maktabi bordi. Muyassar Ma'lumning ana til sinfida o'qidi bolalar bilan. Andan keyin shu yerdagi tanishlar deymiz, Tashanmada dars olgan onalar deymiz, shularning vasitasi bilan Turkiyadagi ana til maktablar to'g'risida ancha-muncha tushunchalarga ega bo'lgan bo'ldim. Mening his qilishimcha Turkiyadagi bolalarning ana tili Yevropadagi bolalarga qaraganda umumyuzlik yaxshi ekan. Sababi hamda asosligi Turkiyada Uyg'urlarning jiq bo'lishi. Turkiyada Uyg'urlar ko'p, Uyg'ur bolalarning Uyg'ur to'pi bilan uchrashish fursati Yevropadagi bolalarga qaraganda cho'ng. Andan keyin Turkiyada masalan ommaviy tashkilotlarmi jiq, cho'ng tipdagi faoliyatlarmi uyushtirilib turdi degandek. Andan keyin yana bir sababi balkim Turkiyadagi bolalarning ishqilib men ko'rgan bolalarning ko'pinchilari yaslini bek undaq baldur başlamaydı. Başlamaydı ekan. Masalan, analar oilada turadigan analar jiq bo'lganlik uchun bolalarni masalan 3-4 yoshlargacha, hatto maktab yoshlargacha uyda boqilgan ishlar qilgan. Endi Yevropada bo'lsa bolalar yaslini baldur boshlaydi. Endi mana mushtaq sabablar tufayli endi lekin yaslini boshlash, baldur boshlash hargizmi bolalarni ana til o'rganmaydi degandek emas. Ana til o'rganmaslikka bir sabab bo'lolmaydi. Chunki ko'z oldimizga reallik qarasak, yaslini boshlab turibmi, ana tilni yaxshi o'rgangan bolalarimiz bor. Ham xeyli ko'p. Lekin bu qandaqli bo'lmasin, bolalar qo'sh tillik muhitga baldur kirgan bo'lg'achqa, bolaning turmushida yasli boshlash teshik cho'ng tilning miqdorini bek oshirib yetadigan bo'lg'achqa, bolaning safari sal qiyin bo'ladi, ham vaqti sal so'ziladi faqat. Shundoq bo'lganda, ya'ni bizning Yevropadagi bolalarimizning tili chiqishi hamda Turkiyadagi bolalarga qaraganda ostroq bo'ladi. Turkiyadagi bolalar masalan eng ana tilni bola sinfimizda shu bola eng yaxshi so'zlamaydi degan bolaning tilimi xeyli chiqadi ekan hamda mening his qilishimcha. Lekin hamda men o'ylayman, bu hamma davlatlardagi ana til maktablari ders o'tish programmalariga qarasak, buningda 2 xil omil ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi bu o'qituvchi bo'lib ishlayotganlarning bundan burun o'zi vatanda olgan ma'rif tarbiyasidan ulgu elib o'tishlari, masalan, darslarni, programmalarni yetkazishda. Ankin yana birisi shu davlat ma'rifidan o'rnaklarni olish. Masalan, Amerikada bir ana til maktabi bo'lsa, Amerikadagi bolalar o'qiydigan maktablardan. Biz Norvegiyada bo'lsak, tabiiyki mening bolalarimning savodini chiqarguncha Norveg maktablaridan, yaslilaridan behchiq ulgu ilhomlarni olaman degandek. Buni tamoman shunday qilsak bo'ldi. Chunki shu bolalar o'qiydigan normal maktablardagi ma'rifdan, pedagogikadan, metodlardan ulgu olsak, bu bolalarning shu biz Uyg'ur ana til maktabida yetkazayotgan bilimlarimizni qabul qilishi osonroq bo'ldi. Yangi metodlarni kirgizgandim. Agar u maktabda unumlik bo'lsa, biz uni ana til maktabida tabiiyki o'zimizning ana til o'qitishimizga moslashtirsak, shuna moslashgan bir shaklda ishlasak bo'ldi. Lekin endi mening his qilishimcha, bizning qaysi davlatdagi ana til ma'rifimiz bo'lishidan qat'iy nazar, bizda bizning bir tahrir xizmatimiz bor. U bo'lsa, bizning dars materiallarimizni tuzish, birinchidan, anandagi dars materiallarimizni birlikka keltirish, o'qitish programmamizni birlikka keltirish. Mushtoq tahrir xizmatlar bor deb o'yladim. Masalan, Turkiyadami bir necha maktablar bo'lsa, masalan,
Bu mekteplerning hammasining programmalari har xil endi. Nima desak bo'ldi? Meningcha hamma maktablardagi ana til muallimlarining bir yig'inlari bo'lsa, kurslar bo'lsa, bosh qo'shsa, shu yerlarda o'tirib maslahat qilib, bir o'rtaq bir muajiratga ana til ma'rifining boshlang'ich maktab, yasli ma'rif deymiz, boshlang'ich deymiz, to'liqsiz to'liq o'tir maktablarning o'qitish programmalari tuzilsa, ya'ni o'qitish nishoni, tarbiyalash nishoni, buni amalga oshirishning qadam bosqichlari degandek. Andan keyin yana bir qilishga ish muhim xizmat mening his qilishimcha bizama bu savad chiqarishdan keyinki, bolalarning savodi chiqib bo'lgandan keyinki ana til ma'rifi uchun zarur bo'lgan til adabiyot darslari, tarix darslari, madaniyat urf-odat darslari degandek diniy darsliklarni tuzish. Andan keyin bu darsliklar albatta masalan yosh bosqichlariga qarab masalan xuddi 1-yillik, 2-yillik, 3-yillik deb tuzilgandek o'sha tuzish kerak materiallarni. Haqiqatan materialimiz yo'q hozir. Yani yig'ib eshitsak sizga ijobiy ta'sir berdimi yoki salbiymi? Yani bugungi chet eldagi Uyg'ur bolalar ma'rifi. Bana salbiy ta'sir bermaydi. Chunki bizmi bizning chet eldagi ana til ma'rifimizning tarixi undaq uzun emas. Masalan Avstraliya degan davlatlarda masalan Uyg'urlarning Avstraliyaga yerlish tarixi xil uzun bo'lganligi uchun ana til maktablarining tarixi xil uzun. Endi ular xil tajribali bo'ldi deb o'ylayman. Lekin masalan Norvegiyaga nisbatan elib aytaylik, Norvegiyada Uyg'urlar texnikaga 20 yil bo'ldi. Eng boshda kelganlar shu 20 yil bo'lmabdi. Shunda bo'lganda bizning Norvegiyadagi ana til ma'rifimiz bir endi beh surib, endi parvish qilishga, bu yerda izlanish, tadqiqot olib berish, qanday qilsak texim yaxshi qila olamiz degan bir izlanish bosqichida. Endi bu izlanish nihoyat jonliq bo'ladi. Meningcha bo'lganda mening bilishimcha 2018-yil 5-dan hozirgacha mayli Norvegiyada bo'lsin, mayli Yevropada boshqa Fransiya degan maktab ochildi, Avstriyada ochildi, Belgiyada ochildi. Hatto onalar oilalarni asos qilib turib va yoki bir nechasi birlashib bir to'p bo'lib degandek har xil shakllarda ana til ma'rifini jonlantiryapti endi. Endi bu nihoyat yaxshi bir uyg'unish. Endi mushtaq qilib biz mukammal bo'ldik degan bir safarni bisyapmiz deb o'ylayman. Shunga bu menga nihoyat ijobiy ta'sir berdi albatta. Allah razı olsun. Bundan keyin ham sizlardek aktivist hemşerilerninki albatta fedakarlık bilan takım yaxshi bo'lib ketadi deb qarayman. Ammo mening bir shaxsiy fikrim bor bu yerda. Ya'ni bolalar ma'rif masalasida shaxsan biz beshimizni o'tkazgan bir masala bor Misrdagi vaqtida. Men ustozlarga, cho'nglarga xat yozgan va yoki ularga davomliq degan bizga shu millatninki Sharqiy Turkiston degan bu zaminninki va Sharq Turkiston xalqining tunishda, uning tarixini bilishda yoki Xitoyga qarshi Sharq Turkiston davosi, mustaqillik harakatini shu Misrdagi bolalar, Talib bolalarga bo'lsin, mayli boshqa dunyoning har qaysi joylarida, bu vaqtda Suriyada tinch vaqt edi, nurg'un Uyg'urlar o'qiyotgan, Saudiya Arabistonda o'qiyotgan, hozir o'qiyotdi va Turkiya deymiz va undan boshqa bir qancha davlatda minglarcha Talib yoki fanni o'qiyotgan bolalar bordi. Uning ichidagi birisiman. Ammo hiçbir zaman ustozlardan, cho'nglardan bizga vatanparvarlik va millatparvarlik dersi o'tilmadi. Biz shuni boshdan o'tkazdik va bugun men mayli Turkiya ma'rifi olsun, mayli Yevropadagi kurslarning ma'rifi olsun, qarasam bir tarafdan ko'ryapman o puroqni, millatparvarlik, vatanparvarlik ideyasini. Yani bir tarafdan jiq ko'rolmayapman. Şunu buningda nima his qilasiz? Masalan, hozirgi Uyg'ur bolalarga vatanparvarlik degan bu narsa loyiqida tushundirilyaptimi? Yani yakfimi, kafimi bu? Albatta bu ana til maktablarida mayli shaxslar o'zlari uyushib turgan maktablar bo'lsin va yoki tashkilotlar yoki uyushmalar boshqurishgan maktablar bo'lsin,
Bular yalğız bir faqat til kursu emas. Yani balaga ana tillam uyutadigan undaq o'rin bo'lib qolsa, buning bizning bugungi reallığımızda ve kelgusi mavjudligimizda ahmiyat undaq zo'r bo'lmaydi. Albatta balalar til o'rganib chiqsa, ular o'zing ana tilini o'rgangan ahmiyat bo'ldi, lekin u qadar zo'r bo'lmaydi. Meningcha bo'lgandimi, milliy kimlik tarbiyasi bek muhim. Maktablardami masalan buni bir xil nima deymiz? Balalarga kimlarning avlodlari ekanligi, nereden kelganligi, nima uchun bu yerga kelib qolganligi, nima uchun bu yerda yashayotganligimiz, yashashimizning ahamiyati degandek bizning kimligimizni balalarga to'ntirish va buni unutib qolmaslik, buni qadrlash tarbiyasi berishda meningcha bo'lganda shuar xarakterlik o'qituvchilarning bizga onunğa bek ahamiyat vermeyiz. Bunu şu balalarning yoshlarga masalda ana til o'rgatishdan boshlasak bo'ldi. Ana til o'rgatimiz, masalan 4 yosh bola uchun elib aytganda, men degan Uyg'ur deb maydalarga mushlab turib so'zlagan qaraganda, u bir ana tilda ota-onasi bilan aloqa qila olsa, Uyg'ur tilida yumshoq qo'shiqlarni ayta olsa, shu tilda so'zlab, shu tilda tafakkur qila olsa, mana bu bir milliy kimlik tarbiyasi şu bola uchun elib aytganda. Anda o tadrijiy cho'ng bo'ladi. 5 yosh, 6 yosh kirdi, 7-8 yosh kirdi. Mush jarayonda anadan keyin biz onunğa 6 yoshida Chintemir Boturni hikoya qilib so'zlab beramiz deydik. Mushundaq bir xil qadamma-qadam saviyasini oshirgan holda Uyg'ur milliy Uyg'ur xalq cho'chaklari, dostonlari, masallalari, Uyg'ur xalq masalan Eğiz edebiyatının misallarını tushundiramiz, Uyg'ur tarixidagi mashhur shaxslarni tanishtiramiz, ularning ruhini balalarga singdiramiz. Qilib mush jarayonda endi balalarda milliy kimlik dan iborat bu tonish, bilim shakllandi. Ham mushu bir xil milliy ruh uyg'unu demdi, vatanparvarlik tarbiyasi. İşte qadamma-qadam o'qitish mazmunlari bilan giralashgan holda yetkazish kerak. Ya'ni şuar to'lg'andek, masalan buni qanday ifodalayman, masalan xuddi bir cho'nglarning bir tashviqotlari bor-ku, shuni so'zlagandek emas, har bir bolaning shu yeshidagi qabul qila oladiganiga, masalan ba'zi bir shuarlarni bolalar uqmaydi, masalan bizga Uyg'ur, biz Uyg'urligimizdan faxrlanamiz deb 4-5 yoshli bolalar unda deb so'zlab bersak tushunmaydi ular, uning faxrlanishning nimligi, undaq ruh, uyg'unish degan narsani u bolalar his qilmaydi. Lekin mening demoqchi bo'lganim, o'qitish mazmunlariga buni qadamma-qadam kirgizish kerak. Paydinpay mushtaq qilganda, ondan bolalar bu Uyg'urlikning nimaligini, o'zining teshikki cho'ng to'pqa emas, o'ziga tava bo'lgan bir Uyg'urlik to'pi borligini, shu yerda o'zini qanday his qilganini bolalar tuyulgan, uningdan bir xil shu to'pga kirganda o'zini shu to'pning ichida o'z his qiladigan, ko'rinmaydigan, u to'pning ichida qo'shanlik topa oladigan, o'zining o'zligini his qila oladigan, men shu to'pga tava degan bir tuyg'ularni bolalar biladigan bo'lib, shu jarayonda Uyg'urlik degan kimlik yetildi. Milliy ruh urg'uydi. Ondan faxrlanish tuyg'ulari bo'ladi. Boshqalarning oldida masalan bir iftixorlangan holda o'zini tonishtira oladigan, o'z men mana mushtaq bir to'pga tava bir inson deb o'z kimligi bilan teshik cho'ng to'plarning orasida yashay oladigan bo'ldi demoqchi. Meningcha bu mujoratga antil ma'rifda milliy kimlik tarbiyasi degan bek muhim. Uni biz qanday qilsak bolalarga mushtaq singdira olamiz deb nihoyatda izlanib turib shu ma'rifni singdiradigan bir muhim, ma'rifning eng muhim qismi amaliyotda. Shu tilimizni shu milliy kimlik tarbiyasini bolalarga singdirishda eng asosiy omil, eng asosiy qo'ral bo'ladi albatta. Allah razı olsun. Hozir Yevropadagi, Amerikadagi va yoki muhojiratdagi Uyg'urlarda har yili bir ta'tilga chiqadigan bir ish bor. Ko'pincha Uyg'urlar ta'tilga chiqadi. Ta'tilda ota-onalar bolalarini olib chiqadi xos holatda, oila shaklida ko'pinchilari. Va yoki ba'zilar olib chiqmaydi.
Ama bugünkü kunda qarasak ballarninki uçuş faaliyetlerinden bek tövelligini his qilyapmiz. Yani bolam Yevropada ballarca uçuşamaydı, uçuşturuş faaliyetlerine ait töven boladı. Bununla nispeten qanday qaraysiz? Muşu bir o'ylanayotgan ish endi. Shaxsan men bu yil yozda his qalarim deb desam, Xo'sh. bu yil yozliq ta'tilda Turkiyaga ketdik. Ta'til qilish uchun. Endi Turkiyani tanladik. Hem ta'limga mening 2 oy ta'tilim bo'lganligi uchun 2 oyga yaqin turdik Istanbulda. Bu jarayonda masalan bolalarni o'qitdim. Masalan kichik o'g'limning texi Ravrus Uyg'urcha undaq so'zlab ketmaydi, Norveçcha so'zlab oladi masalan. Şu Türkiye'ye berip bu yerda akadilleri bor, Uyg'ur maktabi bordi. Bu Turkiyada memniyet Türkler degandan keyin bizning uchrashganimiz faqat Uyg'ur to'pi. Biz boshqa insonlar faqat Uyg'urcha so'zlashadi. Norveçcha til muhitidan chiqib ketdik degandek. Shu jarayonda mening o'g'lim Uyg'ur so'zlab ketdi, masalan kichik o'g'lim. Necha vaqt biz izchil Uyg'ur so'zlab ketganlarimizning to'plaganlarini hammani chiqarib, shuna Uyg'urchani ravon so'zlaydigan bo'lib ketdi hozir. 2 oyda bir til o'rganib oldi da. Masalan, jilqanlarını toplap çıkardı. Yani onun bir Uygurluk tuygulları şu yerde bir partlap çıktı. Yani o Uygurluğunu başkaça tonadı şu işgal jarayonida. Yani ben bir Uygur, bu etrafımda Uygur adamların hepimiz Uygur sözleydi. Ben bu Uygur sözüşüm gerek diyendikçi. Şunu hem de başkaça his kıldı dep oyladım. Şu manadan elip etqanda ben oylayman. Mesela şu jarayonlarda mesela tillarda bo'lgan o'zgarishlarni mesela do'stlarimiz ko'rdi, şu Yevropadagilar, Norvegiya do'stlarimiz degandek ko'rib, hammasini mesela bolalarni elib başta bir yozliq bir o'qitish tarbiyalash o'rinlari bo'lsa, shu yerlarga opag'isi, yozliq maktablar bo'lsa opag'isi, yozliq ta'tillik programmalar bo'lsa, lagerlar bo'lsa opag'isi keldi. Hem hatta bizga aştaq diyenler bo'ldi. Aştaq yazlıq mekteplerini assanlar bo'ldi ki İstanbul'da. Ballarımızın elip kessek diyenler bo'ldi. Emniyette bu qilish tamamen mümkün işler. Emniyette ünüm berdiğen işler. Mesela yazlarda aştaq mesela siz dediniz o ta'til qilib bir yerler ketimizdi. Ta'til qilib mesela biz ta'tillik programlarını teşkil etsek, mesela İstanbul'da ta'tillik mekteplerini assak, dünyanın hem yerden kelgen ballar mesela Uygurlar başka yerlerge mi vardı diken Türkiye'lerge mesela şundak çıkbarımız. Her yazlık tatil berip bir işki iş pişep tutup geliş diyen ait bir umumlaşkan işlemdi. Ya ki bu mesela atanlar şu məxsus şu balının şu başka vakti o işlep aldıraş bolmamız ki bir yılın başka vakti da şu yaz fəsildə bolsunmu biz bir dəmir işlerimizini jığıb şu ballarımızı çoxum eşeği bir okutuşunun apırıp okutuşunun bir mümkünçiligini yarataydı eder. Şu balının merkez kanalda aştaq bir tətillərini planlısı buludu. Andikin şundaq yazlıq programlarını mesela İstanbul'da qilish tamamen mümkün. İstanbul'da Uyghur ballarının tilleri yaxşı. Avrupa'dan bağlan ballar ular bilan aralashib o'qiydi bir sınıflardan. Şu jarayon tanışıdı, do'st bo'ladi, Uyg'urcha so'zlashadi. Bu til degan shundaq narsa. Bu til degan kichik bolalarga uyda o'tirib, "Ma degan olma degan balam" deb gapirmasam şu bolalar bilan o'ynash jarayonida shu til aloqa qancha jonliq, qancha o'zini unutgan tabiiy bir yo'sinda bo'lsa, bu til aloqa qancha jiq bo'lsa, ham jonliq bo'lsa, bu bolalarning o'rganishi eng unumli bo'lgan gap. Mesela ben ishga jarayonida kichik o'g'limga hech nima o'rgatmadim. Hech nima o'rgatmadim. Lekin qaytib kelgandan keyin men shu tabiiy til aloqa qilish jarayonida şu işgal jarayonida öğrenib olgan nurg'un yangi so'zlarni angladim. Demak, men so'zlarni eşeler öğrenib olibdi bu deb. Demak, ash tilni ishitish jarayonida öğrenib oldim. Shundaq bo'lganda, masalan, siz degandek ashtaq ta'tillarni biz ashtaq planlash orqali İstanbul'dagi maktablarga iltimos qilish, ularning ashtaq bir programmalarni imkoniyatlarini boricha ulaştırışı qarab ata-onalar ta'tillarini plan qilsa bo'ldi endi bolalarni elib berish uchun. Mesela keler yılları hem de bu gap deganni qilmoq intayin oson. Mening bir maqol temsilim bor. Dunyoda gap qilmoq oson debchu. Keler yılları aşındaq bir ta'til kurs va yoki nima deymiz, piknik demdi, Türkçede piknik deydi. Uyg'urchada faaliyet demdi. İşte balla faaliyetlerini o'rinlashtirish
imkonimiz bo'ladimi sizningcha? Ya'ni bir amaliy bir gap bo'lib qolsami shu ekranda? Deymiz o'rin masalasida hamda buni masalan Turkiyada qilamiz desak, shu İstanbuldagi maktablar yoki bo'lmasa shaxslar yoki bo'lmasa shunday qilaylik deb bir uyushtirgan faoliyatchan kishilar bo'lsa o'rinlarni hal qilsa bo'ladi. Andan keyin buningga bu yolg'iz ularning xizmat bo'lib qolsa to'g'ri bo'lmaydi. Endi buning masalan dunyoning boshqa yeridan bora oladigan ona til o'qituvchilari shu yerda yozliq ta'tillik programmalarni birga plan qilib, shu yerda darslarni o'tib, bolalarga yetakchi bo'lib, shu yozliq ta'tillik programmalarini yaxshi o'rinlashtirishda boshqa yerdan boradigan ma'lumotlar kuch qassa bo'ldi masalan. Endi bu ishlar anglamoqmi endi bir xil agar plan qilsa mablag' masalalarini masalan ota-onalar bolalarini olib o'qitadigan bo'lgandan keyin tillarga ishlatamiz emasmi pullarni? Shunday. Siz nima ish tutadi masalan ota-onalar shu maktablarga pullarni topshirsa o'qish haqlarini shu orqali masalan o'rin joy masalalari hal bo'ldi, materiallarni qiladi, ma'lumotlarga ancha-muncha ajr haqini berdi degandek. Boshqa qilib masalan bundaq bir yozliq lagerlarni, yozliq maktablarni qilish tamoman mumkin. Nima uchun mumkin bo'lmaydi masalan? Menimcha bo'lganda. Albatta, inshaalloh. Mushu suhbatimizningki bir vasilasi bilan kelgusida ashta bir faoliyatlar tashkillanib qolsa, masalan, nimada? Turkiyada. İnşallah her yili bir davom qilib qolsa, buning bir vasila bo'lgan bo'lamiz. Farhod Yo'rinqash apandim telefon qilibdi. So'zni anglab baqsaq. Uzilib ketib qoldi herhalde. Men yana ulashib terishim. Assalomu alaykum Farhod apandim. Programmani taqaversizlar. Programmani taqib o'tib, o'tirliqda 15-20 sekund vaqt bor, shuni bir-biriga mos kelmaydi. Programmani taqib o'tib so'zlayversizlar. Ovozlari yaxshi. Bo'ldi. Assalomu alaykum Tejalli ustoz. Bugungi programmani ahamiyat deb qarayman. O'zida ko'p pedagoglik ekspertlar avval bizning dunyo o'rqultiniki istiqomatga va siyosiy mas'ul Maureis Erkin Ekrem Efendi bilan ahamiyat ko'rsatib bo'ldi. Rahmat. Alo. Anglamadı yaxshi. Suhbat oldu. Onun ikili ondan mı ahamiyatli bir suhbatni başladılar. Ben bayniyağı başına ahır anlap bilyapman. Oldu bilan ben o'zim shaxsiy nomimdan hurmatli hem qadrli fidokor bu ustozimiz Gulnar xonimga alayda rahmat aytaman. Alayda minnatdorligimni bildiraman, chunki biz bu yillik No'ruz mezgilida Norvegiyaningki poytaxti Osloda bu Nobel mukofot tinchlik komitetida bir ilmiy muhokama yig'ini o'tkazgan va shundaqla Osloda Uyg'ur yoshlarini xalqaro bilimda bu ish tarbiyalash kursi ochgan shu mezgilda biz Norvegiya Uyg'ur komitesining uyushtirishi bilan No'ruz faoliyatida qatnashdik. U yerda men dunyo o'rqultining raisi To'lqin Isa apandim, Islom Fayiqi Erkin Ekrem ko'chimiz, Amerika Numarqant apandim, hammamiz bor. Qatnashgan vaqtimizda hozirgi o'zlarining suhbatlariga qatnashayotgan qadrli Gulnar xonim shu No'ruz faoliyatiga vasiyatlik qilgan. Bu No'ruz faoliyatida mahorat ko'rsatganning hammasi shu xonim o'ziga vasiyatlik qilayotgan bu Uyg'ur maktabininki o'quvchisi ekanlarni. Biz ko'rib xonimning so'zlarini anglab shu jarayonda bolalarni organizatsiya qilish usullari, shakli, metodi hammani ko'rib ishimizni suyunib ketdik hamda bu taraflar mashhurlarga ayt xo'sh bo'ldik, ishimizni suyundik, haqiqatan iqtidorli ekan. Bütün bolalar mesela bolalarning ichida dans o'ynaydigan bolalar bor ekan, naqsh aytadigan bolalar bor ekan, she'rlik musiqa qiladigan bolalar bor ekan. Ammo xulosaga kelgan vaqtida xonim o'zi turbanlik ama nayda anlayışma turishcha aytgan vaqtida nayda
anlayış göstergen de vallahi bütün vallahi naydın bir bana bu bizge nayd çok tasir kılgan. Bugün bayniyarda kan sözlerinde nayd xursam buldum. Naydı ilmi yusunda fikir kıldı. Naydı pedagog ilmiga mos keladigan shaklda fikr qildi. Buni men chet elda muajiratda shu Uyg'ur ana tili kursi ichayotgan, maktabni ichayotgan bütün ustozlarninki o'rnaklashiga tegishli o'rnaklash xarji deb qarayman. Endi men bu yerda bir uchurni aytib qo'ymoqchi. Yaqinda masalan shu taxabirat bo'lmadi Markaziy Millatlar Universiteti, ya'ni Xitoyninki. Ninki bir terrorizm tadqiqot edilen bir grup var. Aşınınki e'lon qilgan bir maqolasi bor. Bu maqolada Sharq Turkistonchilarning, ya'ni Sharq Turkistonchi terroristlarning qo'lidagi 3 cho'nqizor degan shaklda bir maqola e'lon qilindi. Bu 3 cho'nqizorninki birinchisi bu yerda Uyg'urlarninki fiziologik qurilmasi, ya'ni chiroy shakli bizga tamoman o'xshamaydi. Bu Sharq Turkistonchilarning qo'lidagi bir ko'zor. İkinci kozor nima? Uyg'urlar o'zini biz bundan da musulmon millat deb qaraydi. Diniy e'tiqodiyatga o'xshamasligi bularning ikkinchi kozori degan. Uchinchi kozori bularninki ona tili degan. Til jihatiga olaylik bularning o'zining ona tili degan. Ama shu 3 kozorni sanab kelgan vaqtida bularning qo'lidagi eng cho'ng va eng xatarli kozor bularning ona tili degan. Şu xulasa kelganda ham shu xulasani bergan. Taxbirat to'g'ri e'lon qilgan maqollar cho'ng maqollar. Demak, bu yerda bu Xitoyninki e'lon qilgan bu ilmiy tadqiqot maqolasini shuni ko'rilishga bo'ldiki, bu yer ona tilining uyumligini. Bu o'zimizning milliy mavjudligini saqlab qolishninki naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi. Dushmanimizmi buni tasbit qilgan. Buni tadqiq chiqqanda hamda. Şunun üçün keyinki bir qancha yildan buyon bo'lib shu Uyg'urlarning milliy markini cheklash jihatini ilib qo'yotgan. Uni cheklash jihatini tuziltayotgan siyosatninki oq ko'rinishida Xitoyninki bu tasbit bor. Bu hukm bor. Bu yerda eng xatarligi bu yerda shu Uyg'urlarning ona tiliga degan. Biz hem de hazır muaciratda 1,5 milyon Uyg'ur yaşayamiz deymiz. Bütün devletler, mayli G'arbiy Turkistonda olsun, mayli G'arb devletlerde olsun, yoki Türkiye'nin merkezi qilgan O'rta Sharq devletleri olsun, nurg'un tashkilotlarning qaramog'ida, jamoatning qaramog'ida ona tili maktabi qurildi. Ama umumyuzlik ahvol qaraydigan bo'lsak, bizni biraz afsuslantirdi. Bu yerda muvaffaqiyatli deb qarayolmaymiz. Masalan, men Germaniyani misol keltiray. Germaniyada hozirgacha masalan ona til maktabi 1998 yili tunji qatim shu yerda boshlandi. 98 yil, 99 yil. Hozirgacha 3 qatim ochdik, taqlib ketdi. Bundan keyin 6 oy to'xtab qolib, yana davomlashtiramiz, yana 3 oy to'xtab qolib davomlashtiramiz. Bundan keyin to'xtab diniy kursi ish baqayildi, Qur'on kursi ochdik. U 3 oy davom qilib to'xtab qoldi, yana 2 oy davom qilib to'xtab qoldi. Onun için biz sanat kursu açalım deb sanat kursu açtık. Bu biraz devam kıldı hem de. O biraz devam kıldı. To'xtab qolmadan bir yerde. Şunu biz ötkende men bizninki bu pedagoglar va masalan Turkiyada istiqomat qilib turayotgan Abdulla Oyib ben bilan bu so'zlashdim. Nima sababdi bu? Bir turlik bunun da bir izchillikni saqlayolmadik deb bu vaqt çok ko'p iznish yapmadik. Bu iznişimizin cevabını bayını anlap otladım. Gulnar Hanım Nait Op'tan bunun tespitini yaptı, bunun Nait Op'tan cevabını verdi. Yani bir yerde vallahi kısık alaylığa hürmet kıl asasda. Vallahi nime kısıkıdı mesela mecburlaşamaz bir yerde. Mecbur tanımasın, vallahi nemige kısıkıdı, vallahi alaylıkları, kısık alaylıkları bulanı obdan analiz kılıp, tadqiq qilib, şularni maskildigan mecburlamay, ularning ishidan o'zi qiziqadigan bir yo'lni, bir metodni, bir pedagog, bir yo'lni tepish nihoyatda muhim ekan-da. Bu Türklar menga aytdi. O'sha Germaniyada faoliyat qilib o'tgan Türklar bizni dastlab kelgan, voy Qur'on o'qisamiz, qatnashsam shunga deb majbur akratdik. Voy ma turishni bilsam deb majbur akratdik. Ammo bir turlik başaramadik deydi-da, bizni qaqshab aytmaydi, qanchalik Türk tashkilotlar mas'uliyat deb qaramiz. Oxiri biz qo'par to'xtab bo'lmaydi-ku. Biz hamini birleştirishimiz kerak. Ballar nima qiziqdi? Birinchi yo'l ballar san'at qiziqdi. Anadoluning madaniyatiga, kulturiga, uning bilan tilni, uning bilan yezikni,
onun bilan dinni hammasini birlashtirib, bolalar qiziqadigan bir yo'lni topgan vaqtda alandan keyin buni davomlashtirib ekanmiz va buning ustunligini saqlayotganmiz degan bir yo'lni topdik. Biz hozir shu shaklni qilyapmiz. Hozir masalan Germaniya Türk tashkilotlarining butun maktablarining hammasiga borsanlar, mayaqda bolalar naqsh etayotgan, mayaqda Qur'on kursi bor. Mayaqda yana o'zininki tilni o'rganayotgan, mayaqda yana bolalar Anadolu'ninki masalan qizlar kashf qilayotgan Anadolu'ning milliy xosat. Hammasiga bolalar nima qiziqsa, shunga ko'proq ahamiyat bergan. Şunu ben oylayman, bunlar xonamninki hozir deganlar to'g'ri. Biz bunda bolalarninki xohishiga biraz ahamiyat berishimiz kerak. Bolalarninki qiziqishiga ahamiyat berishimiz kerak. Hargiz majbur bo'lmasligimiz kerak. Bo'lib mag'arib dunyosida ham bolalarni majbur qilmaydi. Bu vatan emas hamda. Tayoqni tutib yoki nima bilan qilmaydi. Bolalarni o'z ishidan kelib, ya'ni qiziqib qildiran bir yo'lni topsak, to'g'ri deb qarayman. Shunga bir takrar men o'zim shaxsiy nomimdan men mo'liqi Şinjan Üniversitesi'deyimiz atanmış. Şahsi savunuz til hukumat. Menin kasbim tilşünaslık. Şunun ben bir yerde Gülnur Hanım'ınki kalan bayanlarının sözlerini, təyəllərini, bəgən cevaplarını ait mükemmel de es kıldım. Şunun için Allah'a rahmet yetiş. Mecburiyetin es kılıp atılıp verdim. Rahmet. Rahmet sizgim ko'p rahmet. Berat efendim, Allah razı olsun. Aslında Gülnar Hanım'ın texmi ilmiy sohbetlerini, ilmiy nasihatlerini ve yol yoruqlarını texmi ko'p ilib olish niyatideydim. Ama bugün bu yeni bir programma qilganligimiz için biraz özümden biraz charchash va ham oldingi programmamizda biraz ba'zi masalalar o'tirib qo'yilib qoldi. Şuna ilmiy masalalarga bek ko'p kirolmadim. Ama qarasam Gülnar Hanım'ınki bu jihatda xil alohida iqtidorining borligi gap so'zlardan, jumlalardan ko'rinib turdi. Inshaalloh oldimizda kelgusi zamonlarda buningda yana bir maxsus programma o'rinlashtirsak va tashkillash xarakterida bir ish ilib borsak bo'ldi. Bu faqat ikki randilli iborat bir yer emas. Tashkillasak bo'ladi. Nurg'un narsalar tashkillanyotdi zaten bu ikki randning oqisida oldida. Masalan, abay bir yangi gap chiqdi. Masalan, Turkiyada bolalar lageri meselesi inşallah bunu qildiganlarimiz kelgusida chiqib qoladi. Hech kim qilmasa biz qilsak bo'ladi inşallah. Ferhat efendimning so'ziga men sizga so'z berma, uning qarta bir gap so'zlari bo'lsa, olsak bo'ladi. Marhamat. Oldi bilan men lager meselesinde Türkiye'dekilerin kuch chiqarishi muhim. Hem bunun kuch chiqarayotganlar bor. Masalan, Abduvali Ayıp efendim o'tgan yili bir yazık lagerinin tuturuşunu çıkargan Uygur Yer Fondi. İki fonga hem de nurgun atallar, şahsen ben tanıdığım atallar, ornu selcirken, rasxot selcirken diyendeki her xil sebepler bilen mesela tizmatqallar ahırda fakat 4 aylık bu pağalık için bu yazık lager emelden kaldırıldı. Bunun planlaş işlerdi mi? Belki biz tekim yaxşı oylansak, başka devletlerde yaşayotgan Uygurlarga texmi qolaylik keladigan bir şekilde qila olishimiz mumkin. Hem bir yerda ashadi kuch chiqarib xizmat qilayotganlardan boshqa ota-onalarning mushning muhimligini tunishmi bek muhim. Ya'ni boshqa devletlarda yaşayotgan ota-onalar mushu bir qimmatli 2 oydagi bir yozliq lager faoliyati orqali yoki bir İstanbul'dagi bir Uyg'ur ona til maktabida bolasini bir oy 2 oy o'qitish orqali şu yerki Uygur topu bilan uchrashtirish, şu yerki til yaxshi bolalar bilan uchrashtirish, o'ynash, shu ko'ngilli kayfiyatlarning ichida bolalarning ona tiliga keladigan manfaatini ota-onalar muhim deb bilib, shundoq chaqiriqlarga qizg'inlik bilan ovoz qo'shishi, bolalarni balam sayohatni qilamiz, mavi eng ko'ngilli, eng manfaatli sayohat shu deb bolalarni shu yerlarga qiziqtirib itib boradigan bir ota-onalar bir aktiv pozitsiya bo'lishi kerak. Bu bek muhim. Qo'shib qo'ygim keldi. Endi Ferhat Yo'ronqash efendimning bergan baholariga ko'pdan ko'p rahmat. Endi biz balkim nurg'un narsalarni his qilib yetolmayapmiz. Pedagog emas, biz tilshunos emas, endi o'qigan shu bilimlarimiz buning balkim yetarli bo'lmayapti. Lekin yuqorida bayon qilganlarim butunlay muajiratda 2 farzandlik bo'lib, mush bolalarni Uyg'ur qilib tarbiyalash safarimda his qilganlarim.
Riştdən köygənlərim, yığınçaqlığanlarım demdi. Hem Uyghur ana dil mektepte ben her xil balla bilan uçuşuman. Ailede ana dil terbiyesiga ehmiyet berilgan balla, ehmiyet berilmagan balla, qizg'in balla, aktiv balla, ya maktabga qiziqmaydigan passiv balla degandek. Hamma har xil ballarni ko'rman. Mushu ballardan bir o'rtaq narsani his qilaman. U bo'lsin nima desa, bu Uyg'urlik degan, Uyg'urlik tuyg'usi, bu millat sevgisi degan, nima deymiz, har qanday balda bo'ldi ekan. Qanda bo'ldi ekanda. Hamma balda shu kichik vaqtlarda masalan bir Uyg'ur onadan tug'ilib, shu Uyg'ur onadan masalan bir emib ballar cho'ng bo'lgan jarayonda, shu bir mehr muhabbatdan bu bolaning qalbi sug'urilish jarayonida bu Uyg'urlik degan tuyg'ular ballarga berilgan. Endi lekin bu Uyg'urlik tuyg'usi teshitki cho'ng bir til va madaniyatning iskanchisi turdi. Endi bu teshitki cho'ng til madaniyat bizni xuddi Xitoydagi bir maqsadlik sistemalik elib berilayotgan bir assimilyatsiya qilish siyosatining siyosatida vayron bo'lib ketmagandek undaq shaklda tahdid kuchimizmi, lekin biz nayt bir kichik guruh bo'lish sifatimiz bilan teshidagi shu miqdori nayt cho'ng bo'lgan, ta'siri kuchli bo'lgan bu til madaniyatining til va madaniyatning xirsiga duch kelamiz endi. Mushu jarayonda oiladagi ona til ma'rifi bek jonlanmasa, ota-onalar nurg'un masalan til o'rgatish, madaniyatimizni so'zlash, tunishtirish, tariximizni o'rgatish degandek mushu mazmunlar da kettirib so'zlab berishimiz, men bolamga mani o'rgatmasam bo'lmaydi. Men buni vatandan elib kelgan mushu tilni, mushu madaniyat, mushu tarix bilimlarini, mushu dinni men o'rgatmasam, mushu bolam buningsiz ketib qoladi, men o'lib ketsam men bilan ketib qoladi degan bir hushyorlik bo'lishi kerak ota-onalarda. Bir aktiv pozitsiya bo'lishi kerak, bir o'rgatish irodasi bo'lishi kerak, bir izchillik bo'lishi kerak. Bu vaqtda bilim elish kerak ota-onalarmi. Bo'lmasa bolalarda hamma bolada bo'ladi degan Uyg'urlik sevgisi tuyg'udan bir holda qilib qoldi ekan. Buni endi bexni bexni tarbiya qilish, ko'kiltish endi bu muajiratga ota-onalarning ham ana til maktablarning xizmati, muhim xizmati. Men maktabda bayam Ferhat efendim degandek, men darsxonada mandayliqi. Bolalarım nima qilishni yaxshi ko'rsa, shuni men o'qitishda bir qo'ral qilib ishlatishga bek kuchayman. Masalan, oldingi sinfimdagi bolalarimning hammasi rasm chizishni bek yaxshi ko'radi. Shundan qo'l rasm chizaydik. Har soat, har yakshanba kunlik darsimizda bir rasm chizadigan bir ishimiz bor. No'ruz kelsin, No'ruzlik rasm ko'rgazmasi qildik shu chog'da. Qurbayit kelsa, Ramazon kelsa, Ramazon to'g'risida rasm chizdik. Uni sizlik, shundaqmi? Mushu jarayonlarda bolalarning shu masalan bahor keldi, bahor temizda bir rasm chizaydi desangiz, u bahordagi bir manzarning ichiga bir bayroqlarni qistirish, Uyg'urcha kiyim kiygan qizni qistirish, sangzi sevayotgan opani qistirish, qizlarning chechini o'rib uzun qilish, beshiga do'ppilarni kiygizish, Uyg'urcha fasondagi bir yerlarda ko'rib olgan. Da Uyg'urcha uylarning fasonlarini bilmaydi masalan. Men balam ashla bir Uyg'urcha uydek uy sizatga, sen bundaq uyni nerede ko'rgansan, sen bir naqshida ko'rgansan dedi. Masalan, demak bolalar Uyg'urlikqa xos bo'lgan nurg'un elementlarni shu oddiy bir asarlarga kirgizyotdi. Demak, bu shu bolalarga bir Uyg'urlik tuyg'ulari, bola bir o'rmonlikni sizatda, gullarni sizat qo'ysa, bu bir bahor bo'ldi amaliyotda. Bunday bir go'zal bahorning manzarasi, tasviri, lekin bola ashada unutib qolmayotdi. Shuningga bir Uyg'urlikqa oid bir mazmunlarni singdirishga. Shundoq. Men rostini desam bolalarimning ashtaq asarlarini ko'rsam, nihoyat ta'sirliman. Ham ularning oldidagi nima desam bo'ldi, majburiyatimizning qanchalik ig'irligini his qilaman. Bolalarni har ketim ko'rgan vaqtimda. Bolalar bilan paranglashsa, bolalarning suhbatlarda bolalarning og'zidan chiqayotgan gaplar Emniyet bolalarning qalbining ro'yi dunyosining biz o'ylagandek undaq oddiy emasligini biz shu gaplarni olgan vaqtimizda his qilamiz. Shundaq chog'larda o'ylayman, emniyet ular nurg'un ishlarni o'ylaydi, nurg'un ishlarni biladi, his qiladi. Lekin qandaq bo'lib texmi yaxshi Uyg'ur bo'lish bu yolg'iz bolalarning vazifasi emas. Biz ularga yetakchi bo'lamiz, yordamchi bo'ladigan gap. Endi shu bu muajiratdagi bolalarni Uyg'ur qilib tilini Uyg'ur qilish, dilini Uyg'ur qilish bizga qancha mushkul kelsmi, qancha raqobatlarga duch kelsakmi, biz cho'qim buni amalga oshirishning amallari, usullari haqida izlanishimiz kerak. Bu mushkul vazifani
üstümüzge ilişimiz gerek hem bunu becanlılık bilen orundaş gerek. Rahmet, Allah razı olsun. Nəhayət qimmatlik bir fikirlərini beriyapsınız. Amma vaxtımız ayaqlaşıyotudu. Ata-analar toğrusida men axirgi fikirlərinizni ilişdən burun men bir şəxsi fikirni qaytib qoysam. Biz bir yığınğa barğan edik bir zamanlarda Türkiyəyə. Bu yığın nurgun adam qatnaşqan bir yığın. Bu yığınğa nurgun devletlerden doktor, profesör, ustazlar nəhayət köp kelgan. Ay ətigini namaz bomdatdı yinib akşamı 12'gece şu toxtumay konferans anlayımız. O doktorun keyinden bu doktor, bu şehir başlığı, o palançı, bu pokonçu açta kalıp bu 3 günlük yığında nahayet bir ciddi bop gitip emmeylen kakşıp ketken tok, dat dep ketken tok. Ballarının meselesi de men bir şahsi fikirim ilacı ve köngül içişini maksat kılınsa destek kademlerde köngül içi karakterdeki oyunlar, köngül içi karakterdeki okutuşlar tətildiçu. Başında kılıp başlansa bu 4 ay bolsun bağan bolsanlar bu yıl inşallah 6 ayla kiler yılı 8, 10, 16 aylı buluş mümkündü. İnşallah muşu balla faaliyeti, balla köngül içiş asasen kişilerin tətilden paydalanıp ballarının tətilini qıp beriş bilen başlansa bu iş inşallah kelgüsü de o okutuşunu onun yandaştırıp başlayıp keyin andın asaslı hizmetke aylandırsak mı bolu dep oylayman. Şuna eğer işte yazlık tətil kıldığan pilallar işte işli bolup kalsa köngül iç ballarının köngül içişini, ballarının uçuruşunu, ballarının oyun ölüşünü asas kılıp işilip belirsi bek yaxşı bolu dep oylayman. Siz bütün dünyadaki Uygur ata-analarga balları toğrusida, prezidentler toğrusida, ma'rifi o'qish to'g'risida nima deysiz? Sizning shu oxirgi fikringizni elib o'tib programmani oyoqlashtirmay, chunki sizlarning ayadim soat 12 bo'ldi. Sizni saqiltib qo'ydim, charchitib qo'ydim. Yana bir qatimliq programmada andin yana siz bilan tafsiliy bir paranglashamiz inshaalloh. Mening ata-analarga deydiganim shu darsxonamning shuari. Bu faqat ikki jumla so'z. Hem bu iki cümle söz biz oygandık. Bizning beşimizga zulm egirlaşkan sıra biz burunqi hech qanday bir davrda ko'rilmagan darajada uyg'onyapmiz deb o'ylayman. Bir uyg'ongan Uyg'ur hamda bu shuarning nima demoqchi ekanligini tushundu. Men deyman bugun Uyg'urlar dunyoda bir Uyg'ur oilasi qolsa, shu Uyg'ur oilasi shu oilaning bolalarini Uyg'ur qilish uchun Uyg'urlik muhabbati bilan va bu millatning ahvolini o'zgartirish uchun xizmat qilgan, majburiyatini to'nigan va irodasi bor bo'lgan bir avlod tarbiyalash uchun shu bir oyda qolsin, shu bir oyda yana bo'shashmay kurash qilish kerak yana. Qo'ldan nima kelsa shuni qilish kerak. Shu darsxonda shu shuarimni deb keldim har vaqt. Vatandagilarga shuni dedim, chet eldagilarga shuni dedim. Men deyman biz bugun har bir Uyg'ur oilasi o'zimizning oilamizda bir ona til maktabi chiqishimiz kerak. Özümüz yaşayotgan şehirde ana til mektubu bolsunmu, şu ailede bir ana til mektubidek bir ana til üyütüş ve üyünüş keyfiyatı buluş gerek. Pozisiyası, kızgınlığı buluş gerek. Ata-analarımı dep kelyapman, her bir ata-ana bir ana til okutkucusu bolsun dep. Yuqorida mı bunu dedik, bayamdan beri. Her bir ata-ana özünün balısıga üyütüş için ya da zörür bilimler var. Balaga bir bilimni öz biliş bir gap, onu bir balaga qandaq bildiriş, yetkizиш bu başka bir ilim. Şu ilim için nemi zörür bolsa, şunun zörür bilimlerini ata-analar ügünüş için tiriş gerek. Hazır bunun ügünüşünün mümkünçilikleri mi var? Özümüz balla psixikasiga kitaplarni okusak bo'ldi, materiallar burun yo'qdi, hozir tarjima qilinmayapti. Tarjima qilinganlar bo'lsa o'zimiz turmush davlatlarning tillarida o'qisak bo'ldi. Ana til o'qitishiga oid materiallarni tuzib taqib atgan fidokorlarni jiq. Hozir balaga ana til o'qitish irodasi bor ota-ona bo'lsa, bunga yordamchi bo'ladigan materiallar yo'qlikdan borlik kelyapti. Bundan keyin ham yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Shunga har birimizda bununla fakat sus qarmaydi. Ya da belki ulug'vor nayeti kişinin royunu götürdiğen keplerini kılışımızdan muacit yok. Bunun da her bir atanda
Ben balamның ana tili o'qituvchisi. Mening shunday bir muhim xizmatim bor. Bo'lmasa bu balam Uyg'ur bo'lmay qolsa, men buni oldiki majburiyatimni o'ylashim kerak. Deb bu xizmatni qilish irodasini shu bola tug'ilgandan boshlab, bola bo'voq vaqtidan boshlab bolaning tilini chiqarish kerak, tadrijiy savodini chiqarish kerak, ana tilini sistemli tadrijiy o'rgatish kerak. Ham keyingi cho'ngroq yoshlarga borganda maktab yoshiga yetgandan keyin ana til maktablarini qo'llash kerak, shu yerga opirish kerak degandek. Mening deydiganim shu. Ham bu xizmat cho'qim bir aktiv pozitsiyada izchil davomlashi kerak. Toki bolalar 17-18 yoshlarga kirguncha. Shunaq. Allah razı olsun. Mening asli sizdan so'raydigan savolim intayin ko'p. Bularni bola tarbiyasi, bola psixikasi masalasi, undan keyin yoshlar masalasi, hatto hozir sizning qilayotgan xizmatlaringiz bu sotsial xizmat nihoyatda pek muhim bir xizmatni qilib o'tibsiz siz aslında. Yani so'zlashadigan nurg'un narsalar bor ekan. Vaqt munosabati bilan bugun mushagicha bo'lib tursa, Alloh xolis kelgusi zamonlarda yana bir programma o'rinlashtirsak, her zaman her vaqt biz sizlarning yoningizda men shaxsan buni qo'llayman. Bo'lib bu ana til ma'rifi shu balalarimizning kelgusiga munosabatli har qanday bir o'rgatadigan mayli lager masalasi bo'lsin, ya'ni ko'nglich lager deyli. Nurg'un masalalar. Sizning eng oxirgi aytib qo'yadigan so'zlaringiz bo'lsa olma, bo'lmasa programmani oyoqlashtirman. Mening boshqa so'zim yo'q. Rahmat sizga. Ko'p rahmat. Kech o'g'anda sizni saqlatdim va charchitib qo'ygan bo'ldik. Alloh ko'p ajr bersin inshaalloh. Ham ko'p ajr bersin. Keyingi programmalarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar inshaalloh. Alloh omonat. Aziz qarindoshlar, bugun programmamiz bu yerda oyoqlashadi. Bugun bu haftada bir muhim xabarlar programmamizni boshladik. Bu munosabat bilan bir qancha qarindoshimizni ziyorat qildik va avaroid ma'lumot anglatdik va xabar berdik. Bu jarayonda bir ikki qatim texnikalik xatoliklar bo'ldi. İnşallah bundan keyin davomli bu texnikalik masalalarni tuzatishga tirishimiz va taraqqiy qilamiz, yangilik yaratishga qarab yuzlanamiz inshaalloh. Hurmatli Gulnar xonimga rahmat va Erkin Akram efendimga rahmat. Yana bir qatimliq programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.